Qadirlik qarindosh aka ağaçsınlar bizdeki Uyghur Akademisi'nin her yıl uğurlaştırılatkan her yıl uğurlaştırılatkan doktor ve magister okuvchilarniki ilmi muhakeme yığına kelganlarni kızgın karşılarımız. Vaqt münasibati bilan biraz kechikib qoldik, kechirgaysizlar. Asli planda 9:20 boshlaydik, hozir 10 oldu. Men bir qata programninki nimesini kun tartibini sizlarga bir o'qib o'tay. Programdan kun tartibida birinchi qatim boshini so'zi bilan boshlanadi. Ya'ni Qur'onga boshini so'zni boshlashdan burun Qur'oni Karim, ondan keyin Istiqlol marshi, ondan keyin echilish so'zi. Doktor Abdullah Turan echilish so'zini so'zlab turdi. Ondan keyin tabrik so'zlari bo'lsa uni o'qib o'tamiz. Ondan keyin mehmonlardan bir qanchalarni so'zga taklif qilamiz. İkincisi kızımız Şehide iz şiirini okup durdu bizge. Ondan keyin Merhaba Tevfik bir şiir okup durdu. Ondan keyin kiliste Uygur diyarında zamani vaba eydiz tehdidi degan dokladını sınırımız Müyesser Abdülahad sunudu. Ondan keyin Büyük Sandanda marka analizi degan dokladını Ankara'dan kelgan Ortodoks Üniversitedeki Osmancan Tursun hükümüz sunum birdi. Bu Uygur tibabatı tötmeyeceğiz, bunu sunmayımız hazırlığı yaxşı bulanmadı hazırlığı. Ondan keyin bulatı gügendeki çüşlük demeliş, tamak ziyafeti, namaz. Yani 12 gece yukarıdaki programla bolup yutudu. Ondan keyin 1,5 saat dem algandan keyin Sün'iye hamrah fotoğraflarından deniz yüzüde neft yayılışını tekşürüş degan temesini sanımız Zulfiye Kayyum sunudu. Doktor Mahmudcan Litip kuantum fizikisi hakkında temesini meyadimen onun azırkısı kuantum fizikimiz başka bir tema. Yığınçaq sızıqlıq tizletkiş degan dokladını sunudu. Ondan keyin biraz qiziqarliq Ustaz Habibullah Küsani Qur'ondagi mo'jizalar degan temasini sunib turdi. Uyghur Akademisi faaliyetlerinde bazen biz yaxshi ahamiyat nutuqlar bo'lsa, ulardan bizning bu yerdagi qolgan birisinglar yoki 6 minut ichida hayotingdan ta'sir qilgan voqealikdan birini so'zlab turdiganlar, ular so'zlab turdi va boshqa zihin sinash o'yinlari o'ynaymiz, ixtiyoriy bir faoliyat. Ondan keyin Uyghur Akademisi tarjima guruhi va murojaat buni men o'zim sunuman, biraz sunum hazırladım. Bunu qilgandan keyin Xandan she'rlar degan Müyesserning yozgan she'rining birini men yoki yaxshi deklamatsiya qilgan birisinglar o'qib birsizlar. Anasınımız Münevver Nuzugum Xalqaro Yetim Ballar fondini tunuşturdu. Yani bizdeki tariximizdagi tunji bir yangi bir boshlanish, yani ayollarniki, xonim qizlarniki qurgan xalqaro tashkiloti bu, qonunli tashkilot. Buni bizga tunishtirdi. Xuddi bilgan mushu faoliyatni olib borayotgan yama Deniz Feneri Derneği bu bir xayrlik tashkiloti. Bizning bu shundoq xonimlarimizniki xayrlik tashkilotining birisi bor. Buni bizga tunishtirdi. O'zi hazırlagan sunum bilan. Ondan keyin mukofotlash. Yani bu yıl yaxshi natijada o'qish bitirgan, o'zining mayli doktorlik yoki magistrlik o'qishini muvaffaqiyatli tamomlagan o'quvchilardan bir qanchani, qizlardan 4-5, o'g'illardan 3 aylan bor. Ularni mukofotlaymiz. Ondan keyin
taqdirnomalar taqdirdi ve yepilish murosimida yana Ablet Turan efendim yepilish murosimini biraz söz qilib turdi, xulos qilib turdi. Shuning bilan bugungi faoliyatimiz inshaalloh aslidagi planda 5:30da tugamoqchi. Arada 2 tema oxiri kelgan chog'da yaxshi hozirlik qilmag'achda uni qoldirdik. Shuning bilan balkim 4:30larda shom namoziga yaqin tugishi mumkin. Programningki nimasi shu o'qib o'tganga o'xshash. Ben de tuncu qatım riyasat qilishga biraz kamtarovatman, kechirgaysizlar. Shunga boshlanish so'zini qilishdan burun Qur'on Karimni bizning Ali Qarim bir Qur'on Karim o'qib bersa, undan keyin biz rasmiy boshlasak. Ali Qarim siz bir Qur'on Karim o'qib bersangiz. Ha? Niye chiqib o'qib bering? Chiqib. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Echilish nutqini doktor Ablet Turan'ı teklif qilsak, qarshi olsak. Sizlar bilan bu yerda ko'rishganim intayin xushal bo'ldim. Mübarek qadiminglar ko'pdan ko'p rahmat. Meni so'zga taklif qilganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Men bundan burun so'z qilishning oldida davomli nihoyat qattiq o'ylanib olatdim. Hatto bir yerlarga yezib olib, shunga qarab bir amallar o'qib beratdim, yo'qmasa so'zlab beratdim. Lekin men turib o'ylanib qoldimda, odamniki tabiatan ixtiyorlik xohlaydi ekan. Adamın hukukken. Şuna ben bu resmiyetlerge boysunmay, üzerine azrak oyluğaların ihtiyarı sözde bakaytap oyuldum. İçinde azrak ayacan muba. Emmiz bilimiz Uygurların içinde öz Uygur durup Uygurların neşterinin sancısı mı? Nağın gelgen çağda gınkıma yediğalı intan köpe. Onu emmiz bilimiz. Küçük vaktimizde çoğunların bazı gepler anlayıp mesela Uygurlarınki yönellerinin içinde nan deyimiz, aşpezlik deyimiz, töt deyitime qağaç kısın hazır ismi alamadım. Bu neler intayın pak ot talınıp çıkıldığı yöne, bularını xenzi yoldaşlar kılanmaydı deyip, şundak yapın anlaydık. Ben şundak oxşaydı deyip oylap kelgendim, işengendim. Qarasam ondan emes oxşaydı, qaysı günü ündüdar nemiz obdan bilimiz, qarab baxsaq taza şu nanne koçuda, onu mərğub yollapdı ki, şundak bu deyime. Bu xenzi yoldaşlar koçunun oturusunda taza tunuğunu koyup, nanını yakıp, sat kulturuptu. Şunun qarğancada namı uzun qalmay qolumuzda ketib oxşaydı. Ben yakında Yaponiyaga berib keldim. Bəzələrinin xəbiri var. Abdülaziz qardaşımız bana bir kitabını buyurğançı. O kitabını tordan aqtırıb, nurgun kitabı xallar qarab, tapamadım en axırı bir yerde bakanda o kitap.
O yerning Yaponcha ismi ham Jimbocho deymiz. Men o yerga burun Yaponiya 8 yil turibmi berib baxmabdi ekanman-chu. Shu kitobning bahanasi bilan shu yerga borgan bo'ldim. Berib hayron qoldim. O ham Jimbocho degan yer to'g'ri. Yaponcha ashqat ma'nosicha tarjima qilsak, Tangri qo'g'digan mahalla degan gap, ha? Xatning ma'nosini tarjima qilsak. Qandaq mahalla degan joyda o mahallaning hammasi kitobxona ekan. Hayron qoldim. Qaysi taraf xil cho'ng rayon u. Aş rayonning hammasi kitobxona ekan. O kitobxonalar bizniki bildigan kitobxonaga o'xshash. Hamma kitobni alashtirib qo'yib qo'ygan kitobxona emas. Maxsus o'simlikka oid, tarixga oid, hatto masalan Yaponiyaning ma'lum bir tamog'iga oid mushtaq maxsus turi bo'yicha eshilgan kitobxonalar ekanda. Turib o'ylab qoldim. Hozir Aqsuga hamda men Aqsuliq, Aqsu kichik vaqtimizda men bildigan kitobxonada kichik bir kitobxona bor-edi. Hozir nechtasi borni o'qimayman. Şuna hakikaten Tanrı qo'ygan malika uchu. Yani Allah'ımı müştak tirishqan o'qigan insonlarni chuqum qo'llaydi deb ishimiz yapılıqning ahvolini o'zimiz bilimiz. Men dastlabda gapni nondan boshlagan, non degan, yani jon degan gapga yana nonga ketgan bo'ldim. Bayat degandek Xanzu yo'ldoshlar ko'chada nonni shundoq o'qishib yoqib turibdi. Bundan endi qo'limizdan ketamdi, ketmamdi. Men o'ylaydig'im endi-chu. Guna og'alda emas, menimcha beriyat keldi. Men shunday o'ylayman. Odamning tabiati oludi. Shuni uni qanday qilib saqlab qolamiz, o o'zimizning ishi-chu endi. Nurg'un nasrimiz qo'ldan ketibdi. Qo'ldan ketib ketibdi. Turib o'ylab baqsam, shu odamning o'ziga tabe nasi faqatlanki o'ziniki ro'yi bilan shu bilim o'xshaydi. Bu narsani boshqalar aqonchi qilsin, boshqalarning qo'lda olmaydigan o'xshaydi. Shunga men boshqa gapni jiq qilmay, hammamizniki hammamizga sap ixtiyoriy ruh va mo'l bilim ato qilishni umid qilaman. Eng oxirida bugun qimmatli tema sungan barliq qarindoshlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Hammaga ko'p rahmat. To'g'ri bu kitobni men sizlarga yana ozroq men qo'shimcha qilib ozroq hayajon kelyapti-da yana. Aslida bu kitobni ko'zimdan deb og'ash chiqqancha so'z bilan bo'lib unutib qoldim. Bu kitobni oxir topdim keldim. Kitap qandoq kitap degan chog'da mana bu Uyg'urcha, Yaponcha lug'ati. Hozir 80 yoshidagi bir Yaponlik yozgan kitap Uyg'ur emas. Bu Yaponlik 60 yoshini oshgan chog'da Uyg'urcha bilan tanishib ekan, o'rganish istagi tug'ilibdi. 10 nechadan keyin muslug'at tuzib chiqibdi. Ondan keyin yana bir kitap bor. Mana bu azroq o'qishim mumkin. Bu qahramonlarning ko'z yoshi deb ism qo'yib, bu asli Abdurahim O'tkirning iz romani. Bu romanni yapılık bir ayol Uyg'urchadan Yaponcha tarjima qilib chiqibdi. İsmi ham de iz deb qo'ymabdi, qahramonlarning ko'z yoshi deb qo'yibdi. Qarab baqsanglar. Yaponcha kitobning ichida mana ko'rdinglar. Mana iz she'ri berilgan. Turib ham buni o'ynab qolamiz. Yani yapılıqning nima ishi endi buni? Shundaqmi? Boshqa ishni qilib bo'lmamdi endi bizning kitobni tarjima qilib yurguncha. Yapılıqning mishlay tirish mushlarni qilibdi. Türkiye shunchni Uyg'ur va xil burun kelgan. Nimishqa bizda bir turklarningki Uyg'urcha o'rganishning 4 ta kitob yo'q nimishqa? Shundaqmi? Bormi yo'qmi? 4 ta kitob yo'q-ku? Bu odam degan endi yetishlarla o'sib bulamdi endi qachongacha yeymiz. Bizga mana bir o'rganadigan kitob yozadigan mana xo'shallik lozim emasmi endi. Shuning uchun mishay yig'ilmish faoliyatni qilyapmiz. Hammamizga bu faoliyatning ozroq ahamiyati bo'lgan bo'lishini, ozroq bilimga ega bo'lgan bo'lishini umid qilaman. Hammaga ko'p rahmat. Boshqa hatta Uyg'urcha naqshi anglamaydim. Yaponcha naqshi anglaydim, enishkining nimasini anglaydim.
Şu an o bir iştiyak. Yaş vaxtımız üyengen bir nerse hem de şu. O tüpeyden hem de ben Japonçanı unutup kalmakla hazır. Abletim biliyordu. Sen ders versen buldu demetudu. İnşallah o günlerimikiyle tehi Japonya'ya berip bakmadık. İnşallah baramız, nurgun yığılarımızı açarız. Şu an vaxtını için tutup vallahi yaş vaxtında da üyengen nerse kandaktı. Taşqa mühür basqandek, qeyrğanda üyengen qomğa xatni yazgandek. Şuna vaxtınlarını aqasınlar şu taşqa mühür basıb men diyenler kilvatsızlar diye gücü. Allah razı olsun. Bunda bir nim buluş gerek, an buluş gerek insan üçün. Şu hemenlarning bu qadim təşrif qilganlarga rahmat. Doktor Abdullah Turanning kitabını ekiliş üçün alaydan şu Xudo qo'g'digan shahar kitap shahriga berib, şu kitap akab berganiga rahmat aytaman. Allah razı olsun. Ben biraz sözlep kaldım. Hem de programda teşvik yaptı. Evet. Rasa yazılmadım değil mi? Hem de kızımız şeyde bizge kitapta yazılgan iz şiirini okup biliştim burun. Bu yer kelgen bir qancha bizning aziz mehmonlarimiz. Hammalar aziz mehmonlar. Ama bularning ichida Allah subhanahu taala o'qigan bilan o'qimagan barobarmi degan oyat bor, shundaymi? Shunga o'qigan doktorlarimizdan bir qancha yillar bor bu yerda. Biz oldi bilan meningki Sanat institutidagi saboqdoshim doktor Murat Orxon. O Murat Orxon bormi yo'q? Murat Orxon efendimle bir ishga qizga berishga taklif qilayli. O'zingizlar bilasizlar. O'zi Belgiya universitetidagi o'qituvchisi, Amerikaniki universiteti. Ondan keyin Uyg'ur o'quvchilar komitetininki raisi, o'zi bek aktiv, yaxshi bir muallim. Allah razı olsun, sahneyi taklif qilsak. Faaliyetinden Allah razı olsun. Hemenler aldığında hazır Uyghur Akademisi'nin başkanı Doktor Abdullah Turan bizden iyislik yapıp. Evet, Uygurlar için başka yerlerde, çetelerde şuna nurgun tahkikatlar bulmadılar. Bizim iş kuvvetimiz hep özümüze kararsak hakikaten pek oynayıp kalımız. Mesela biz okuvuşlar hizmetini kılatkıla hazır məxsus mağan bir 3 yılda kılap kaldı. 3 yıl jarayonida Türkiye'ye kelip ketken okuvuşların sanısı Uyghur balalarınki hazır 1800 qancha hazır. Türkiye'de okuyatkan aspirant ve doktor balalarının sanısı mı az emas. Bu balalar okuş bitirip jüratkan balalar var. Hem de bu balalar hazır qayerda. Bular bizim için, bizge o'xshash bir millat için bu balalar qayerda deb buni ba'zan o'ylashib qolsak nurg'un savol aqlimizga keladi. Yig'inchoqlasak, bugun mana Uyg'ur Akademisininki aspirant va doktor o'quvchilar uchun uyushtirgan bu faoliyatda mushu o'qiyotgan bolalar uchun o'zining o'qigan bilimlarini sunish, o'ttirib qo'yish uchun nihoyat yaxshi bir fursat. Mushunda bir o'rtamda sunib qilib, men nima o'rgandim deb so'zlash mushlik ishni qilmasa, bu o'qigan narsa nima ish qaraydi endi. Nurg'un bola o'qib, tijorat qilgan bola bor, kesib tashlayotgan bola bor, ketgan bola bor. Turkiyaga keldi. Nurg'un pullarni xarjlab, ota-onasidan ayrilib, nurg'un qiyinchiliklarni tashlab o'qidi hozir. O'qidingda o'qigandan keyin nima ish qilding endi? Türkiye Müzamlıklar aspirant doktora okuş için, diplomalaş için çok bir makale yazıldı. Dissertation. Dissertasiya deydi o. Aşın yazısılar, nurgun yazısılar. Ama o nerede kaldı emdi? Bunu oylasak, bala kısmı oylasak doğru kilidi. Okuştan tügümeydi. Okuğandan keyin okuğan nesrimizne çok bir şekilde oturup çıkışımız lazım. Başkalarına oturuşumuz lazım ve milletimize hizmet kıldırışımız lazım. Abdullah Turan yaşga qilib biz eng qadimgi hünərimiz bo'lgan, milli örüp adatimiz bo'lgan, eng biz ayrılamaydigan nanimiz, hünərimizmi qo'limizdan ketkilib turibdi. Ama dediki Abdullah Turan ruh bilan bilimni biz qancha ega chiqa olamiz degan gap deyotdi. Buni işte o'qigan bolalar, ziyoli bolalar diqqat qilmasak bo'lmaydi. Kelayotgan bolalarning nurg'un bilan ko'rishyapmiz. Sizlar biz o'quvchilarimiz chiq ko'rishimiz, paranglashimiz. Ama kelgan bolalarimizni ba'zi vaqtda ko'rsanglar, haqiqatan o'ylanib qolamiz. Ba'zi mijoz xulqini ko'rsanglar, ba'zi bir qiliqlarini ko'rsanglar,
qarab turib ketamiz, acaba bu ish qayerga ketadi acaba deb. Shunga qo'limizdan ketgan narsalar bor. Biz hozir kuchimiz yetmaydi ekan. Ammo men ching tursak, hech kimga beretmaydigan narsamiz bor. U bo'lsa, ruhimiz, o'zimizning milli ruhimiz, tuyg'umiz, bilmaymiz. Hech kim oldimizda tursa olmaydi. Bu faoliyatningki nihoyatda qalbli bo'lishini tilayman. Inshaalloh bu faoliyatningki va buni o'xshagan faoliyatlarningki ham texnik ko'plab bo'lishini arzu qilaman. Alloh mendan rozi bo'lsin. Ko'p rahmat. Yaxshi so'zlarni anglasak dillar yayrab ketadi. Alloh razı olsun, rahmat. Doktor Tursun Bilgin'ninki tüngen kızının ad koydusu kılgan onu mübarekleyimiz ümmetke, insaniyetke paydalık, iki dünyalık bereketlik bir kız bulup, anı bulup yetişip çıkışını Çin dilimizden ümit kılımız. Rahmet. Hem de biz Musa Can efendim ne bir sözlük teklif kılsak, iki yazı yakıp verse. Fikrlarni o'tirib qo'ydi. Bular Murat O'rxonning fikriga men qo'shilaman. Ya'ni biz bu chet elga chiqqandan keyin o'qiyotimiz, o'qiganlarimiz xizmat qilyapmiz, lekin yana biz vatan millatimizniki xizmatni qilish uchun texnik biroz aktiv bo'lishimiz kerak bo'ldi. Chunki bizning vatanda o'qib xizmatga o'rinlashganlar shunda bir tushuncha bor ko'pincha jamiyatimizdagi bolalar bo'lsin, kishilarning orasida yana men yaxshiroq o'qib, yaxshiroq bir xizmatga o'rinlashib, shunda turmushim bir kishilik yaxshi qamdasam deydigan. Vatanda men bu vaqtda shunda anglaydim o ishlarni. Lekin o muhimda turmush uchun xizmat qilish yoki shuni maqsad qilib o'qishman. Lekin bizniki onlarga mas'uliyatimiz insonlik yoki musulmonlik mas'uliyatimiz ulardan el bo'lmaydi. Shuning uchun biz texmo jiqroq mas'uliyatni keng doirada tushunib, yani o turmuşumuzun sırtında, turmuşumuzun qamdashning sırtında yana xizmat qilishimiz lazım. İlmiy xizmatlarni o'shunda yig'illarni o'rlashtirish orqali ya kerak o'zimizning bilginni boshqalarga yetkazish, ya boshqalarga o'rgatish, yezib boshqalarga qoldirish, har xil xizmatlarni turajaq. Shuning uchun yani Murat O'rxon degandek shu o'zimizniki bu chet elga chiqqanligimizniki yana ayrim alayda bir mas'uliyati bor. Biz şu mesuliyetini tutup mağsak, inşallah kelgüsüde şu halkımızdaki yaxşı bir parlak istiqbalını qo'lga keltiramiz deb o'ylayman. Hammalarga rahmat. Biz bu yerda ilmiy muhokama yig'imizni boshlayapmiz. Unda bo'lsa, program bo'yicha qizimiz Shahidani taklif qilsak, bizga iz roman, iz degan she'rni o'qib bersa. Keling qizim. Bugünkü nayeti nimede Abdullah Turan efendim ekegen kitapma iz romanı diyen kitap. Bu yerde iz degan şiir yazılgan. Ondan keyin bizdeki bu programınınki ilanını laylaş için bizim vatanda bir inimiz bir mektepte o'qituvchi ekan. Şunu laylab berdi. Bu Made in Türkiye emas. Made in Uyghur, yani bizim vatanimizde valla laylab bergan. Bu şehirde qarasanglar, nimba iz var shunda ama
İzlaba, karvanlar, bek uruk olsuna yeni kitvatıdı. Muvaffakiyet karab inşallah. Tapkısı bir günü nevrimizce çevrimizdeydi inşallah. Biz tepe almasak nevrimizgime kalmakadek bu izler. Şuna hemimiz kolumuzun kilişçe, üzümüzün küçüğünün yetişçe, tirişip üzümüzün kesbini yakşı ügensek, navayla nenimizi yakşı yakmasak, anda oldu ki, nanma kitip kalacak. Şuna emanlığa rahmet. Kızımız şehideme ait hayacanlık okup verdi. Rahmet onun yetiştirdiği ata-anasıga ve ağzına ilim sağan okutuşlarına. Hazırki ikinci sunum, ikinci doklat Orta Doğu Orta Şerif Üniversitesi Ankara'daki Orta Şerif Teknik Üniversitesi'deki eynimiz Osmancan Tursun özünün hazırlayan sunumunu sunuştum aval. Ben onun kibirlemesini okup biteyim. Osmancan Tursun magister Orta Şerif Teknik Üniversitesi Türkiye'de okuydu. 1986 yılı 10. oğlakta bir erkeğinize oğlak kayısı ay belki beni geçiriyorlar. Ben 11. ayda Ürümçi şehrinde işçi ailesi dünyaya gelgen 1993 yaşaktan 2002 yıldıca başlangıç ve tuluksuz ne Ürümçi şehri Lüdavan Kömürkan İşçi Felsefte Mektubu okulan 2002 yılı yaşaktan 2006 yıllıkça Toluk Oturu'nun Gondong ülkesinin Gondong şehrindeki Gondong Gongya Oturu Mektubu'da okulan 2006'da yaşaktan 2010 yıllıkça Toluk Kursunu Cumhur Fen Teknik Mektubu'da kompütür kesidi okulan 2010 yılı 6 Ağustos'da İstanbul'a gelgen, bir yıl İstanbul Üniversitesi Tömer'de türüşügengen, 2011 yılı Uydun Türkiye Cumhuriyeti Orta Şerif Teknik Üniversitesi'de kompütür sahasında magisterlik okudu. Yakında Orta Şerif Teknik Üniversitesi Modsiminer Kovan tecrübehanısında tecrübe yerden sunulup iş yapıldı. Makaletimizi büyük sanatlarında marka analiz ve seliştirmesi ilgili makale sunmakçı. Onun başka koşum çıkardılar. Bizdeki Türkçü günatkan okuguçular ya ki başka saha Türkçü'ye ihtiyacı olan, ihtiyacı olanlar fakat bir logatta düzülgen hazır kemince. Kim Abdullah kimdi? Burada Mümin Abdullah abimizdeki düzgen şu logatını kompüteri okuyup internette www.tildil.com deb aqtusanlar şehirden erkin faydalanadigan halet erkilib bir yıl cepalık işleş arkalıp şuna bir yaxşı bir işini ro'yobga chiqardi. Bu tufaydan kardeşimizga rahmat aytamiz. Bizning Uyg'ur akademiyasi to'g'ridami sol tarafda bor. Bu yerdan foydalanisizlar. Kalimani Akademisining 4. qatlamidagi magistr va doktora öğrencisinin ilmiy muhokama yig'iniga kelganlarni xush bo'ldim. Mening ismim Osman Tursun. Hozir O'rta Sharq Texnik Universitetida magistrlik kasbida o'qiyapman. Kompüter kasbida magistrlikda o'qiyapman. Meningki tadqiqot temam hozir tasvir bartaraf qilish jihatda Abdulaziz akash deb qiynalib ketgan tecrübehanın ismi Kovan. Bu tecrübehanımızda asasen burun dikkat qilgan bo'lsanglar, Türkiye'de bir tal iCap deb bir tal kichik mashina odam bor. Mush mashina odamningki ko'zi, qulqilardan foydalanib biz mush mashina odamga aqliy iqtidorni kirishga tirishyapmiz. Meningki asasen bu mashina odamlar qildigan nima shu ko'zi. Onun ko'zini qanday qilib ishlatishni. Endi benim bugünkü temam büyük sandanda marka analizi ve seliştirmesi. Bu temadan biliyoruz ki benimki bugünkü temamın asas mezmunu marka. Onun için bu marka sandanı, yani bu markadan kandak analiz kılımız ve seliştirmemiz. Endi
Ko'pchilik hammalar bizlar marka turmushimizdagi ko'p uchraydigan bir ufqum. Hammamiz markadan aylanmaymiz. Bir marka bir tal iste'molchilarniki iste'mol qilish sufti, iste'mol qilish iqtidori va bu iste'molchiniki bir ideyasini belgilab beralaydi. Hamda bir shirkat uchun bir marka bu shirkatniki tavrining sufti, bu shirkatniki uqumini smol qilib beralaydi. Amsa marketing hamda Ma'u bizden Uyghur diyarıdaki bir kısım çıraylık yaxşı işlengen markalar mesela Xalluq'ның markasını görgenlikler hemimiz bir xil hoş olmamız. Çünkü Uyg'urların nurg'un yaxşı işlan qilib berayotgan mesela Atlan. Hamda markaningki Uyghur izohidagi ma'nosi bir xil tovarning tishi yoki qilib besilgan rasm yoki naqsh shaklini olgan yezi qatorliqlar. Hamda bu resim asosan markalar resim bo'ldi. Resim degan bir cho'ng bir ufqum hamda marka uning ichidagi bir qismi hamda. Shu markani qanday analiz qilamiz desek, avval rasmni qanday analiz qilishni bilgandan keyin markani analiz qilishni bilamiz. Hamda marka hozir turmushimizda nurg'unlagan markalar bor. Shu nurg'unlagan shirkatlar bor. Har bir shirkatning nurg'unlagan tarmoq shirkatlarining markalari bor. Bu sababdan nurg'unlagan markalar uqma ya bo'lmasa maqsadlik holda bir-biriga o'xshash shaklda bo'ldi. Masalan, bulubmi ba'zi bir davlatlarda shuna boshqalarnikini do'rash qilmishlari bek yuqori. Ammo ma'lumot shunda danliq marka o'ng tarafdagi, so'l tarafdagi hammasi danliq markalar, ammo bular uqmay bir-biriga o'xshatib qolganda, bir KFC hammalar bizlar, meniki Uyg'urchisim batdi, bir Uyg'ur odam badan do'ppini kiyib, bir marka batdi, biz ko'sib qo'ysam, topolmay qoldim. Endi bu markalar qarsanglar, masalan, birinchi markada asosan shakl jihatdan o'xshash, rank jihatdan o'xshash emas. Ikkinchi markada shakl hamma jihatdan o'xshash bo'lib qoldi. Uchinchi marka qarsak, birisi tub-tuz marka, yana birisi yonti o'zgartib qo'ygan, ammo ikki marka hamdi. Mening qilgan ishlarim mayli shakl jihatdan bo'lsin, mayli rang jihatdan bo'lsin, yo bo'lmasa yo'riqlik jihatdan bo'lsin, qanday o'xshash bo'lsa, shuni izlab tip berish hamdi. Hamda büyük sandanni anlatışdan burun sandan degan bir ufqumni sizlarga anlatib kelay. Hamda sandan deganimiz bizning kompyuter sohasimizdagi yoshlar o'zi shuna Uyg'ur tilimizni tixinbek jonli qildi deb sandan deb ism qo'ygan narsa. Hamda sandan degan sonliq ma'lumotlarning sistemli holda saqlangan raqamlik omborni sandan deb ataymiz. Hayotinglarki masalan telefoninglarki telefon daftari bo'lsin, yo bo'lmasa bloglarda qilgan shu izohlar bo'lsin, har qanday narsa bir sandanning ichida saqlanadi. Sandan bo'lgandan keyin bu kimningki narsaning kimga tava ekanligini u bilan bilalaymiz hamda. Buyuk sandan hamda Osmonga qanday buyuk sandan deb qanchalik buyuk deb. Ham Turkiyada taxminan 850 ming shirkatningki qayd qilingan markasi bor ekan. 850 ming degan qanday narsa desanglar, masalan 1 soatni ben 4000 sekund deb hisoblaydi taxminan. Undan bo'lsa 20, ya'ni 1 sekund bo'yicha vaqtda 1 sekundda bir tal markani ko'rib tursangiz, sonra 20 soatda aran ko'rib olasizsiz 850 mingni. Hamda mening qilgan ishim mushni nimasi azaytish hamda. Masalan, normalda hozir Turkiyada bu markalarningki patent huquqini qanday o'ylaydi bo'lsa, Turkiyada ma'lum bir organ bor. Shu yerga bir shirkat markani berdi. Markani bergandan keyin bu odamlar birdan marka qarab chiqib, sizning markang bo'ldiki yoki bo'lmaydi ekan. Ammo bir odam yoki bir necha odam buni qarab bilmaydi. Bular faqat markani turga ayirib, shu turda o'xshashmi emasmi deb yuzaki shaklda bir natija berdi. Ammo bu natijani berib bo'lgandan keyin bu marka bozorga chiqdi. Undan keyin qo'pib yana bir shirkatning mushunga o'xshash markasi bo'lib qolsa, keyincha shu shirkat mush organga berib, sen men registr qilib, sen mushaga registr qilgandan keyin sen bana pul bersem, sen yeni bir markanımı okşaş enge yapsa, enge alsan, sen bana baş töle, bana pul töle pegen. Sen benim hukukumunu koğduğumu da ben çünkü nimiş gibi ekip kıldım diyendek her bir ayda net 100 markanın müşündak bir patent hukuku bilen boğan cidel macera Türkiye hükümetindeki müş organlanan nurgulgan ziyanını keltirgenler. Hem de bunu tıkınbek yakış kılış için hem de biz müş markini adam emez belki bir kompüterinki suret tasvir bir taraf qilish usuli bilan tez bir shaklda tıximi yaxshi bo'lgan bir analiz qilish sistemasini yasab chiqmoqchi.
Endi bu büyük sandan marka analiz sistemi ise bizning qurgan sistemimizninki ko'rinishi mana avval her bir marka tarafdan başlaymayız. Her bir markani analiz qilamiz, onun xususiyatlarini olamiz. Ondan keyin bu xususiyatlarni bir çünkü 850 milyonu birden köygül olmaydı. Hem 850 milyonu normal qilgancha mı kompüter mi 1-2 saat ketdi hamni analiz qilish uchun, tepish uchun. Bununla bir tal tez suratda bir taraf qilish bir usulni qo'shib bir tal sandan yasaymiz. Bu sandan bo'lganken yeni bir şirket kelganda o markasini berdik. O'xshash usul bilan uni analiz qilamiz, xususiyatlarini olamiz. Shuning bilan buning xususiyatlarini mush sandandagi tez suratli hisoblash usuli bilan onun cevabını tepip ahırdan analiz neticesini veriyoruz. Analiz neticesinde bu marka o'xshash markalar bo'lmay qolgancha da bunu şu bizninki sistemning ichiga kirgizsak bo'ldi. Endi resim, marka bir resim dedik endi. Markani analiz qilish uchun avval resimni analiz qilishninki usullari qarab baqilay. Tarixdan hozirgacha, masalan, sunniy izohat en dastlabki resim qaytarilish usullari bo'ldi. Hozir ishlatib mesela Google kirgan vaqtlarda bir tal resimni basalar. Mesela Uyg'ur desanlar bir muncha Uyg'urlarning rasmlari chiqdi. Mesela Uyg'ur yemeklari desanlar lag'man pulu narsalar chiqdi. Bu en oddiy resim qaytarilish usuli. Bu resim qaytarish usulini bilamdikin qanday bo'lganligini kerak bilamdikin deb bilmay. Endi esa resimning tasvir xususiyatlari. Buningda xat yozmaysiz. Resimni bersiz. Resimni bersangiz resim bir sizga bir muncha shunga o'xshash resimlar qaytib berdi. Endi kelgusidagi tadqiqotchilarning qilayotgan narsasi ma'nilik xususiyatda. Bu qanday bo'ldi desangiz, sen hozir Uyg'ur desangiz bir ta Uyg'ur bir muncha Uyg'urlarni chiqarib berdi. Keyincha sizga siz kelishgan bir Uyg'ur yigiti deb yozsangiz, sizga shunda kelishgan Uyg'ur yigitlarining rasmini aytib berdi. Ya bo'lmasa budur chashli, qalam qoshliq deb yozsangiz, onunla bir ta chiroyli bir ta Uyg'ur qizlarning rasmlarini chiqarib berish mumkin. Shu sizning degan gapingiz bo'yicha, masalan, bir kitobda bir odamning tasvirini ko'rdingiz. Shu tasvirni yozsangiz, balki amaliyotda ashuna bir odam bo'lib qolsa, shuning rasmini birlamchi tepishingiz mumkin. Masalan, bir ta rejissyorga bir tal artist lazım bo'lib qoldi. O rejissor o senariye qarab, o ssenariyga uni tekstini kirgizsa, Google'ga uning tushliq bir tal artistning rasmi chiqishi mumkin. Endi resimning xususiyatlari endi. Resimni qaytarilish uchun avval resimning xususiyatlari bo'lishi kerak. Endi xuddi mesela bir adam mesela cinayet etkiğinde adli çendiray. Mesela bir sakçıda cinayet etkiğinde adamı tepiş için onunki parmak izi ya mesela DNA'ni tepiş arkalık bu adamı tapılı oldu. Biz mi resim tapkanda resimninki aşına DNA'ga okşaş resimden DNA'lerini tepişimiz gerek. Mesela resimninki renk hususiyet, tüven derece hususiyetleri renk. Yani bir köşede mesela bayrak kızıl renklik deseniz mesela kızıl renklik bayrak size mesela Türkiye'nin bayrağı ya mesela Cumhur'un bayraklarına kaydırıp verişi mümkün. Anneki izna diyen texture, hem de texture'ni qanday tercüme qilishni uqamdim. Men izna deb tercüme qildim. Texture izna mesela her xil materiallarninki mesela tamninki bir xil iznası oldu. Adamның yüzünün bir xil iznası oldu. Yağaçның bir xil oldu. Her xil oldu. Endi o'tirjali xususiyatlar bo'lsa, shakl tasvirlagish. Endi bir resimde asasen şekiller buldu. Mesela Türkiye'nin bayrağı ay yıldız. Bu şeklini çıkarıp muş ay yıldızlık deb nim qilsa, ay yıldızlık desek bizga bir tane neticeler qaytarib berdi. Ankin mao cisim xususiyatları ise aşı bir resimdeki cisimlerini ayrı qilib, ayrım qilib onu tekshirish. Endi tekstli izohlama usulü birincisi de mesela biz Osman degan bir xatni kirgizsak Google'ga endi qanday natija chiqdi? Mana ma'mina rasmim, mushuna bir rasmni qaytarib berdim sizlarga. Endi bu tekstninki qanday afzalliklari bo'lsa, nihoyat tez. Chunki u bir tekis. İkincisi torda nurg'ulg'an rasmlar var. Bu rasmlarning atrofida nurg'ulg'an tekstlar var. Bu tekstlarga qaraganda, anikin bu ashuna munosabatdagi xatlarni qaytarib bergan bo'ldi. Endi afzalsizligi her bir resimge biz nim qilmaymiz, izoh yozolmaymiz. Yani birisi izoh yozsakmi, to'g'ri izoh bo'ldimi, bo'lmadimi? Üçüncüsü resimni til bilan ifodalagan olmaydi. Çünkü resimde nurg'ulg'an ma'nolar bo'ldi, bir ikki kalima so'z bilan uni ifodalab berolmaysizlar. Endi mazmunga asoslangan usul desek, mazmunga asoslangan usul resimning mazmuni, ya'ni rengi, shakli, uning iznalariga qarab
izleyiş buldu. Hem de tasvir uçu hem de avval mazmun asosan usulda avval uningki xususiyatlarini tepib olamiz. Ya'ni bu xususiyatlar orasidagi orliqni o'lchaymiz. Orliqni o'lchaymiz. Masalan, buningda bir tal rasmni ko'rgizamiz, u bizga rasmlarni qaytarib berdi. Hamda rasm bizning kompyuterdagi rasm normaldagi rasmlar odatdagi rasm bo'ldi. Hamda raqamli rasm degan, masalan, avval insonning qallasida rasm qanday shaklda? Avval ko'zning qarchug'usidan nur o'tib, undan keyin bizniki qarchug'imizning mayalarida sezgichler var. Sezgichler signalinin nerva yolları arkalı kalımızga o tasvirini yetkep berdi. Hem de adetteki kameralarının usulü okşaş, nur kildi cisminin üstüge, o nur kaytıp, aks kılıp, ekranga perdege yanıdı. Hem de mavi raqamlik rasmninki kamerada bo'lgan nemisi, masalan, miyada bir yo'riqlik, masalan, chiroq o'bu kildi, jismning ustiga tushdi, jism ustiga tushgandan keyin miyada kompyuterdagi sezgichlar bo'ldi miyada. Bu sezgichlar shunaqa kataklardan tuzildi. Bu kataklardan tuzilib, miyada bir tal ulashib ketgan narsa, ama kompyuterdagi dunyo bir uzuk dunyo bo'ldi. Discrete deymiz. Onundan şu aşırı ameliyatki cisimni en yakın derecede aşılığına taklit kıldı. Hem de mayadaki küçük çekitler nimde atayımızsak piksel de atayımızda. Piksel rakamlık resimdeki en küçük bölünmez nokta piksel de atıldı hem de. Hayatımız yani piksel desek nimden neside de kalma hayatımızda nurgulgan piksel hukumları oldu. Mesela Sultan Ahmet Camisi'ndeki iznikler. Bu iznikler mesela şu izniklerini bir taldan koşkan en küçük iznik şu piksel buldu hem de. Sultan Ahmet Camisi kalsa. Hem aşkhanımızdaki farfur kış. Böyle akışlar buldu. Mesela şunda akışlarını jığıp ne çıkılır yani jığıp çıkan bir binanın tepsi karşısınız mı o bir xil resim şekilde keltireleysiz. Yani eğer apınız keşlep begen koyalım. Şu yerdeki bir tal yipten ötküzüp yığını bilen her bir çigiş şu mu bir tal piksel hesaplandı. Hem uyumunuzda temeyi sonra hotelin girmiyor. Hotelin girmiyordan arka açsanlar şunlar çigişler var. Şu çigişlerin sana kaçık cık olsa bu giren şunca süpette şunca çıraylık oldu. Çigişlerin sana az olsa o 12 resimde 12 çıraylık hop gitmeydi. Gilemninki mi süpte onda uzun işirtenme işlemdi. Yani hazır sılap oynavatkan telefonun kamerası yani kim bezden telefonlarını tutup duranlar bu telefonun kamerası mı? Kamera mesela alma telefonunki 8 milyonluk nimesi var. Bununki mesela şu 8 milyon kamera diyen nimi olsa ibak resimler karşısınız. Aldıdaki resimde karşısınız. Miyade bir resim battı. Katekçe, mıyakta kısa 2700 katekçe, mıyakta kısa 3700 katekçe. Muşdan köpeyttirilmesi 8 milyon buldu hem de. Hem de bir resimle qanday tasvirlasek, yaxshi tasvirlab beraleymiz deydi. Hem de birincisi alayda bulmak. Alayda bulmaktan degeniz şu xususiyatda başka xususiyatlarga qaraganda alayda bo'lish kerak hamda. Mesela tushunchimizda bu resim o'xshash desa, şu xususiyat ifodalab bergan joyda o'xshash bo'lish kerak. Ya'ni birisi muqim bo'lish. Yani tushunchimizda o'xshash bo'lsa, tasvir bo'shlig'ida o'xshash bo'lish. Bu resimga qarab baqaylik. Mesela malaning hammasi 4. Bu tötne her xil piqrasınızmı insandan kalsığa bu o'xshash bir töt buldu ama kompüter için o'xshash bo'lmasligi mumkin. Hamda kompüter uqtirish uchun biz muqim bo'lgan bir tal xususiyat tepishimiz kerak. Hamda kompüterdagi hamda qanday narsalarga qarasak bu muqimlik bo'lsa mesela yoritish. Mesela ma ikki rasm qarasak birisida nur kuchli, birisida nur ojiz bo'ldi. Bu ama ikisi o'xshash resim. Bir odam ko'rsatsangiz, ma resim o'xshash bo'lsa, o'xshash deydi. Ama kompüterda o'xshash bo'lmasligi mumkin. Buni kompüter o'rgatishimiz kerak. Endi ko'lam desek, ko'lam degan shu mana scale degan gapdan keldi inglizcha. Buniki bu ko'lam degansan bir rasmni so'zsak yo bo'lmasa qissak, masalan kompüterda masalan har xil rasm bir tarafga nimalarda sizlar yig'ib baqqan, so'zib baqqan bu shu narsalarni qilgandan keyin bu rasmni o'xshash deb qaytarib berishimiz kerak. Yani bu yana birisi piqrasak. Mesela bunda piqrab kelgan, mesela 24 bunda piqrab kelibdi. Bu markalarda pek sert uchraydi. Mesela birden Türkiye'nin bayrog'i bunda olib qolsin, birdan keyin yana bir 10 taraf 90 gradus piqratsangiz bu ikkisi biz o'xshash deb qaytarib berishimiz kerak.
Yana birisi nisbiy o'zgarish. Nisbiy o'zgarish degan biraz abstrakt bir ufqum, ya'ni bir rasmni bunda qiyib so'zish yo bo'lmasa bir xil qilishlarni nisbiy o'zgarish deymiz endi. Ma'noda mayoqqa 30 gradus yo'tkab, oyoq pastga ozroq tatqinni rasmda mushib qolibdi, ammo nisbiy o'zgarishlar har xil bo'ldi endi. To'liq ko'rinish esa, masalan, bir rasmni yiroqdan tatgan bilan yaqindan tatgandan bu ikkisimi, ya'ni o'xshash rasm deb qaytarib berishimiz kerak. Endi yo'riq muqimliqni qanday keltiramiz deb endi bir rasm keldi endi. Har xil ba'zan tutuq rasm keldi, naytdi, ba'zan yana uningdan tutuq rasm bo'ldi. Menda bizning doktor akalarimiz bor, masalan, rentgenga tushgan rasmlar ba'zan vaqtda aniq chiqmay qoldi. Uning hammasida tasvir bitirib qilish orqali, masalan, ma rasmga qarasak, ma normal ma o'ttirga yig'ilib qopdi-da, nurlarning hammasi o'ttirda. Biz buni chechib başqa yerlarga yiqqandan keyin men 3 tiximba yaxshi ko'rindi. Ma rasm qarasanglar, ma tutuq. Miyoqlarda nur yo'q. Buni mu tatib ekib, miyoq chachimiz. Chashqandan keyin o rasmlar tiximba yaxshi ko'rindi. Endi ko'lam muqimliqini yaxshi qanday keltirmaysak, endi sizga har qanday vaqtda masalan kompyuterdagi rasmlarni cho'ng kichikga o'xshamaydi. Masalan, torbatda kichikroq rasm ishlatasiz, ammo kompyuteringizda cho'ng rasm bo'ldi. Masalan, 3 megabaytlik, ammo torbatda 50 KB'lik bir tal rasm ishlatasiz. U vaqtda bu kichik rasmdan cho'ng rasmni qanday qilasiz? Onun uchun eng avval bu cho'ng rasmni bo'lasiz. To'xtamay uzunligini, kengligini 2 ga yoki boshqa sonlarga bo'lib, mushak o'ziningki har xil kichik shakllarni topsizlar. Ortalanma 4 tane pikselning ortalanma qiymatini olib, bir tal rasmdan shakllangan bir piramidni shakllantiramiz. Mana Mona Lisa'ningki rasmi shunaq uzunligini, kengligini qisqartib 2 ga bo'lib, undan keyin 4 pikselning natijasini, miyada masalan 4 piksel var. 4 pikselning natijasini ortalanmasini ilib, miyaga bir tal pikselningki o'rniga ashuni qo'ydi endi. Endi rang, endi hayotimizdagi kompyuterdagi rang qanday ifodalansak, masalan, mani hamma odam bildi, masalan, kichik vaqtimizda maktabda taqib bergan bir tanda chambar vardi. Tepsida qizil, yeshil, seriq, har xil yaqin ekasanglar, har xil rang chiqdi endi. Kompyuterdagi bu rang modeli RGB model edi. Masalan, telefoningiz bo'lsin, mayli nimada bo'lsin, televizoringiz bo'lsin, yo bo'lmasa torbat laylab qolganba birdaga rang berganchada RGB shaklda beriladi. Mushu qizil, yeshil, ko'kning nisbatini har xil tanishish orqali yangi rang hosil qila olasizlar. Endi yana bir xil rang modeli bo'lsa, bu HSV. Bu insonning mavi kompyuter uchun rang shakli, mavi insonning ko'zi uchun rang shakli. İnsan onun o'xshash ma'noda qancha ko'k yoki yeshil yoki qizil yoki deb o'ylamaydi. İnson bo'lsa rangning darajasiga qaraydi. Masalan, ma'nodagi H bo'lsa, bu qizilmi, yeshilmi, ko'kmi uning qaraydi. Uningki yo'riqlik. Bu ochiq qizil rang yoki sus qizil rangmi ashundan qaraydi. Yana birisi to'yinish darajasiga qaraydi. Endi bu rang modellerini nimish qilmasak, rang modelleri orqali biz rang sexmisi olamiz. Masalan, rang sexmisi olgandan keyin bu rang sexmislarning orasidagi orliqni hisoblab, bu ikkisining ichidagi ranglar o'xshashmi, o'xshash emas. Mushning natijasiga erishamiz. Bu natija noyat ma'nodagi hisoblash usuli yozilgan formulada. Bu rang sexmisi ikki boyutli bir sistema buldu. Bu ameliyatda onunki aloqani hisoblash bizniki nuqta bilan nuqtaniki, masalan, to'liqsizda o'rganib boqqaningizda nuqta bilan nuqtaning orasidagi aloqani nim qilish. X koordinatlari bilan Y koordinatlariniki ayrimisining kvadratining yig'indisininki yiltizi buningki orasidagi aloq bo'ldi. Endi bu mushiningki ikki boyutli formulasi bu bo'ldi. Mushni hisoblab chiqib, bu mushdi Ağırlığı nait kiçik bo'lganchada bu ikkisiniki rasmdagi ağırlık kichik bo'ldi endi. Endi ma'noda amaliy bir rang sexmisi ko'rsatib qo'ydi. Ma bir qizvalning rasmi, buningda qizil ranglarningki sexmisi bo'ldi, ma yeshil rangning sexmisi bo'ldi, ma ko'k rangningki ma birlashtirib qo'ysak, mushlar bir tal sexmi chiqdi. Yeni bir rasmni ekildi, yeni bir rasmni ekasakmi, mushning yaqinroq sexmi chiqqanchada bu ikki rasmni biz o'xshash deya olamiz. Endi
Rang seximizde endi bizniki hozir nim qilgan sondandagi ma'u o'xshash bo'lgan bir logoningki rang seximisi usulga tayinib tapgan o'xshashliklar. Masalan, ma Jungo yasab chiqqan Wonderful deb bir marka tam ma'u McDonald'sninki o'xshatgan. Endi bu ikkisida seriq rang bilan qizil rang o'xshash bo'lg'achqa, seriq rang bilan qizil rang asos bo'lg'achqa bu ikkisini tepib chiqdi endi. Endi buning baribir usulninki unda har bir usul unchalik yomon emas. Her birisinden bir tane kemçiliki var. Mesela ma'ni tapamadı. Ameliyette ma'ninki bizim sandaniki kızıl Kanada'nınki bir bayrağının belgesi. Aslında bununki bir tane yeşil bir tane logo kiletti yine marka. Ama bu kızıl rengde başka nesne tepki koydu hem de. Çünkü o yeşil o mu bir tane yopurmak ama yeşil renglik yopurmak o başka. Fakat renk cihetten karganca da o kızıl renglik yopurmak yok emez. Şuna onu tapmadı hem de. Yani izna geldik, izna ibayet düşündüremeydim. Müşradan hemiz izna buldu. Mesela her yıl manada pul işbirliği ketken kağıt, miyade bir tal, raf, ayet ki tam, yani her yıl normalde torbetlerde ya bu başka yerlerde işletken mesela teglikteki şekiller, sızıkçılar izna dep atıldı hem de. Yani piksel gruplarının resimde sistemli kaldı tekrarlanışı. Hem tekrarlanış deseniz miyadaki bir şekil miyade yani tekrarlanıyordu. Manadaki resimde yani tekrar aynı anda keseklerinin nimisimi tekrarlanıp. Hem de bu tekrarlanış hususiyeti asasında hep biz kısmen nuska usulünü paylaşıyoruz. Hem de kısmen nuska usulü dediğin nimo deseniz şu bir resimde avval bir şu resimden müşteripiden başlaymayız. Müşteripiden başlayıp her bir 9 pikseldeki bir katekçini almayız. Mesela manadaki miyadaki birini aldık ma 9 pikseldeki kıymetini verdi. Bunun da o türdeki pikselinin kıymetini bunlardan alın mesela. Ağan iken menfi çıksa onunla 0 vermez. Müsbet çıksa onun 1 verip burada bir tal 8 hanelik bir san çıkarmaz. Bu sanını çıkargan ki mesela her bir pikselge bir tal 8 hanelik buldu. Her bir bu 8 hanelikninki özgür şekli birbirinden nöl olgan iken bu 2'nin 8. derecesi buldu. O 256 xil nuska çıkaralaydı her bir resimde. 256 xil nuskani hesaplayımız. Yani her bir pikselninki qaysı xil mişnaq 0,001 kelgan 8 hanelik sanına to'g'ri keldiğini hesaplab 256 xil sonninki bir tal sexemisini sizib chiqamiz. Ibaqi rang sexemisi o'xshash. Uningki yana bir rasmni silishtiramiz. Silishtirganchada bu sexemining orasidagi orliq kichik bo'lganda bu ikki rasm o'xshashgan deymiz. Endi ma qisman nusxa usulini endi hozir men desam, chunki ba'zan tushunmay bo'lishi mumkin, ammo bu hayotinglarda uchraydi. Masalan, telefonlarda, kameralarda shaq rasm tutganchada bir tal tiktok bilan chiqdi yeşil ranglik odamning yuziga keldi. Endi buni qanday topdingiz? Shu qisman nusxa usuli. Bu usul ham oddiy ham oson bo'lg'achqa. Chunki odamning terisi obdan qarab baxsan odamning terisi tabiatga har qanday bir narsaga o'xshamaydi. Terining o'ziga shekillik bir tal iznasi bor. Avval mush iznani topib şu yaniki nersini belgeleyen sizin ameliyatı sizin yüzünüzde taptı. O fakat sizin yüzünüzün terisini taptı. Terisini tapan ki bu sizin yüzünüzde çıkarıp edemdi. Endi bu qismen nusxa usulninki yana bir xil ifodalanishga, masalan shu bir piksel ma o'rtadagi piksel bo'ldi. Bunun yanındaki 8 tane qo'shnisiniki ilinmisi mana ilinmisi mashunaq bo'lgan ekan, manfilarning hepsini 0,0 qilamiz, musbatlarniki 1,1 deb ma'noni hisoblab chiqsak, buning qiymati 15 bo'ldi. Bu kıymetler şu maninki her bir nimisi 2008 olgan 256 xil oldu. Şuna her bir pikselge 0'dan 250 arasındaki bir kıymet to'g'ri keldi. Şuna bunu hesaplab bir resimde qanchalik pikseller onun kıymeti 15. Yani qanchalik piksellerin kıymeti 14 deb hamımız hesaplab chiqqan ekan, shu seximini olamiz. Seximini olgan ekan hesaplab chiqamiz. Endi mayada bizninki tajribada qanda markalarni mushu qismen logo, qismen nusxa usuli bilan hisoblab chiqamiz. Qarasanglar, mavi bir yantu resim, ma tuz resim, ma yantu qilib, oyoqqa ichiga kirgizib o'tgan resim. Buni hisoblab chiqdi. Ondan sonra ma Hanzularninki birisi Sanlioning ishlatayotgan bir markalar, yana birisi Malyaninki bir tal Chungyi doktorxonasiniki, tal Sanlioninki doğrab yasab chiqqan bir logosida oldidagi. Faqat Mishiyaniki nesne o'xshash deb nim qilishimdi.
Endi ama mani tapam deydi. Mesela man North Face'ninki yeni bir xil markası var. Tam o North Face markasının bunda tətür örüp yapılan bir marka ama onu tapam deydi. Şunga bizninki bu sistemde fakat bir xil usul bilen her qanday bir logonunki özü oxşaş logosunu tapamaymiz. Şunga biz bu sistemde 7-8 xil usul tapamiz. 7-8 xil usulun hammasini ayrım işirtip hamma logolarni tepib chiqishimiz kerak. Endi şekil usulü biraz murakkab usuldu. Şekil modullarının ko'rinishini tahlil qilingan yoki bir narsani yuzga tushirilgan aksi yoki ayni qiyofada holati bo'ldi endi. Mana qarasanglar, şekil bir rasmni eng vakil xarakterlik ifodalab beradi. Bir shaklga qarab narsalarning nimasini ifodalab berasiz. Rang ya bo'lmasa izna bir ma'ni ifodalab beramaydi. U faqatlam rangni ifodalab beradi ya bo'lmasa izna ifodalab beradi. Ama shakl bir ma'ni ifodalab beradi. Hech bir rang izna bo'lmasdan otning ot, qo'lning qo'l ekanligini bilamiz. Shunga shakl xususiyatlari nihoyatda mo'l bo'ldi, ama bu mo'l bo'lish bizning kompyuterda hisoblash sur'atimizni ostida tutadi. Chunki bir shaklni ifodalash uchun biraz çoğun o'rin oldi kompüterda. Şekilden qanday xususiyatları buldu? Sen yüz hacmi buldu, dügüleklik buldu, merkezin iş nispeti buldu, asası oku buldu endi. Xususiyatlarga qanday erishimizdek, normalda şeklin en ifodalab bergan narsa nima desek, mesela biz kichik vaqtimizda resim chizishni bilmaganda qanday qilamiz? Mesela bir ta kartonni ko'rdik, buni bek yaxshi ko'rdik, chizishni xohlaymiz. Endi bilmagan bola qanday qildi? Avval uzuksizlik qilib oldi. Ben yanlarga uzuksizlik sizib shu rasmni bir shaklda chiqarib oldi. Ya bo'lmasa bir ta tepsiga qo'yib qog'ozni shu uzuksizlikni besib chiqarib olgandan keyin shuni bo'yab chiqarib oldigan ishimiz bor-ku. Endi men aşağı qilatdim endi kichik vaqtimda rasm chizishga usto'mgan ekan. Shuning o'xshash eng avval buningki girveklerini çıkarıp almışız bir resimdeki. Şu girvekleri, şu şeklini ifodalab beradigan en asosiy xususiyat endi. Endi girvekni qanday topamiz? Endi girvekninki xususiyatiga qaraymiz endi. Normalda redden üstüdeki yoki ostidagi qo'shni redni yetimiz, ya bo'lmasa qurdan o'ng yoki so'l qo'shni redini olamiz. Şavqullar boğaşqa bunu sipaş usulü deymiz. Sipaş usulünü ben tercih qildim. Amaliyotda İngilizce blur deydi. Biraz tutuqlatdimiz. Mesela bir resim gördünüz, bunu qanday resim deydi? Mesela ko'rni cho'ndadığınızdan resmi görseniz nurg'unlagan sızıqlar va oq sızıqlarlik resimde qarasanglar, agar biz bu kompyuterdagi hech qanday bir o'zgarish olmay, biroqlamni sızıqlarni topamiz desak, şu resimdeki ak sızıqlarını mı şu çoğunladığınızdaki sızıqı deb çıkarıp koydu. Aval bunu sipayımız deganimiz kompüterdeki resimlerini yığınlash usulü. Aval yendeki renk bilen onu sipap onu tüzletimiz. Yani neden nimişqa sipash usulü deseniz, öyle mındaq bir ta sumutlagancha da bir yer agzallar olup qalsa, yandaki sumutni shalaq apırtlarının yanına töksek şu azgallar yapılmışsa yuqarı olup qalgan yerlerini sipap tüzletelaymiz. Şununla sipash usulü deb isim koydu. Endi ma'u girveklerninki endi kompüterde qanday bo'lsa mesela redden üstüdeki redni elish yoki qurdan qurni elish desem tushunamay qoldinglar. Ma rasmda bunda qurlar bo'ldi, piksellar, mana redlari bo'ldi. Her bir pikselde bir tane rang bo'ldi. Shuni ma sol tarafdagi narsani o'ng tarafdan olganchada bularning orasidagi farqlar chiqadi. Farqlar chiqqandan keyin bir necha xil shaklda nima bor endi? Girveklar bor. Ma'ni mındaq sızıqsız qo'ysam balkim tushunmagan qolishingiz mumkin. Ma'u mesela hozir tafakkur qilish nimalarni o'rgatib etib turay. Bu yoqda bir ta qor rasm bor deb turdi. Bunda qor, bu yerda oq keldi. Oqqa ozroq aldırmay tuyuqsiz o'zgardi. Bu yerda qor rang bor, anki men oq rang bor, tuyuqsiz kelgan. Xuddi ma'no o'xshash. Mesela men oq rang keldi, tuyuqsiz qor rang ma'u bundaq kelib yana bir ta oq rang bo'lgan bo'lsa, miyada şilaq qilib oqdan qorga o'zgaradi. Qordan yana pastga tushib oqqa aylangan u xil girvek. Bunda ikki ta girvek chiqdi. Miyaqdan yana birisi o'rtadagi rasm masalan oq, anikin qora, miyasi seriq bo'lsa, undaq o'zgarishdimi bir xil bunda 3 xil girvek chiqdi. Endi ma'rasim Tixinbek obdan ifodalab berdi. Masalan, 0 normalda kompüter 0 qora rangni ifodalab berdi. 1 oq rangni ishlab berdi. 0 keldi, menda 1 bo'ldi. Aynan o'xshash girvek endi. Shalaqqidan miyaqdan chiqdi, ya'ni yana bir oq keldi. Miyadan 0 ga aylandi. Ma'u girvek shu ma'noga to'g'ri keldi endi.
Endi manodımı yeni iş balapından bir geldi. Onun nesli özgerdi endi. Values özger, onun kıymeti özgergen keyin 5 yıl o yerda bir girvek şekillendi. Men yoqdimi? Maaş tarafdagi qimmat o'xshash, o'tirki qimmatlar o'xshamashqa u yerda bir girvek şekillendi. Ma o bizning bir Uyg'ur kim uqmadim endi bir resim. Şu onunki biz kompüterda şu kurni evetip, retni evetip şekillendirgen bir girvekleri. Mao mesela tıkımbek cık girveklerini çıkarıp yaptı ama azrak girveklerini çıkarıp yaptı. Şu muş girveklerine asasını hep yeni bir resimden muşnak girveklerini almayız. Girveklerini hep şu girveklerine asasen bu işki resim okşaş emez. Şunu neyim kılmaz emdi. Hem de tasvir bir taraf kılış bilen Uygurlar arasındaki münasebet dep hem de nurg'unlagan Uygurlar so'raydi Osman mao miyadagi PDF'ni qanday qilib Word'ga aylantirib bera olaysa deb. Yo'q men rasm shaklidagi PDF'da bu bulamdı bulmamdı deydi. Şu bunu asli buludu, bunu qıl buldu ama hozirgacha bunu qildi men o'ylsam qildi deb o'ylayman ammo Uyg'urlarning turmushiga ishlatmayapti. Faqat davlatlar Uyg'urlarning tilini tadqiq qilish uchun ishlayapti. Amaliyotda shu Uyg'ur jihatdagi narsani qanday olamiz desak, avval shu Uyg'ur jihatlarning girvaklarini chiqarib olamiz. Girvaklarini chiqarib, shu girvaklarniki eBay fond qachiladiki fonddagi girvaklar bilan silishtirib, bu o'mu, ya amu, amu o'sha silishtiramiz. Agar yana birsi tegishme yüzey taxtlarda Uyg'ur xat yozish. Endi mening bir o'ylashayotgan narsamda, mesela iPad'larda, ya bo'lmasa Android sistemlarda Hanzularning pin yozg'ini ko'maklar hozir. Qo'ldilam yozdi xatni. Qo'ldilam yozdi. Mening o'ylig'ini masalan shunda qilib bizim qo'limizdan yozsak, masalan qo'limizdan shu o'zimizning qo'l yozig'ini yozsak, unda urib yumsak başına qilib, onu kompüterga yollaydigan bir xil sistema hamdi. Hozir iPad'ingiz var, iPad'ingizni şaq qo'ydingiz, ayada kompüteriniz var, Bluetooth'da ko'kchishda ulaysiz kompüteriniz var, iPad'ga bir ta qalam olsiz, qalamda shiraq yozsiz, kompüteringiz chiqadi. Ya'ni kompüter taxtasini bilganlar bu usul bilan nayda obdan xat yoza oladi hamdi. Aniki Uyg'urlarning yuzakli ma'nosi bek muhim. Bu deydi Türkler kelib turasizlar, Uyg'urlarning chiroyi har xil ekan, o birsinglar chet elliklarga o'xshayotgansizlar, birsinglar Mongolga o'xshayotgansizlar, ya'ni har xilda hamdi. Hozir o'qimaymiz o'zimizdan qaysi bir shaklni. Ammo to'g'ri qarasanglar, masalan Yevropaliklarning bir shakli bor, Uyg'urlarning Osiyoliklarning bir shakli bor deb bir xil shakl model chiqib bo'ldi hamdi. Uyg'urlarning yo'q hamdi. Bunimi shu tasvir bir taraf qilish usuli bilan har bir Uyg'ur odamningki bir rasmini yig'ib ekib şu muşinin şeklini çıkarıp alsak, yeni bir Uygur gelse, bu Uygur mu, Uygur emas, onu mu kıgılı buldu? Yeni birisi, benim bu tarafta oyluğunun, mesela Uygurlarınki alimlerini qanday tunumuz, mesela danlıq şəxslərini qanday təşviq qılmamız deb bir app yasayıb oyladım. Barlıq Uygurlarınki danlıq adamlarının yüz şəklini toplayma. Toplap bulup onunki sizin telefonunuzga bir program yazmamız. Şunu söylemede özünüzün resmini çok çeksiz, tatqanınki siz qaysi Uygur danlıq adamga o'xshaysınız. O anda sizge bir danlıq adamını çıkarıp Abdullah Abdirim'e o'xshayotgansiz, ya bo'lmasa Qizal bo'lsa kimga o'xshayotgansiz deb şu adamning resmini tunuğa şu adamninki nimelerini mufqul oldu. Mesela qanday ishlarni qilibdi, nimelerini qilibdi demek. Yana birisi Uyg'urlarga ait resim izlashga. Bu mesela lağmenni izlesek bazen tip bulamayımız. Hakkı bu Türkler kanda tamıqanlar varsa izleyen vakit çıkmaya kaldı o resim. Yani karşı çocuk resim çıkmaya. Okşap ketken bir tane lağmennin resmini tepede Google'a bir gün çıkınca da resimler de hemisi lağmennin resimleri olsa ya bu mesela nanın resimlerini çıkarıp etse nanın resimleri olsa nayt yaxşı olur. Şuna Müşna tasvir bir taraf qilishninki nurg'unlagan yaxshi taraflari bo'ldi. Shunga yangi mesela inilaringlar bo'lsa yoki Turkiyaga kelganlar bo'lsa, bu jihatda nurg'unlagan tadqiqot nuqtalari va müşna qiziqishinglarni umid qilma. Rahmat. Savol bo'lsa, savol so'rasanglar bo'ladimi? Yosh avlodlarning ilmiy tadqiqot konferensiyasiga qatnashib xursand bo'ldim. Bizim zamanımız ilim belge. İtvet kim demek? İlim belge mınçılık iştiyat, bağlap mınçılık neticelerini kolu keltirmenlerden nail kursanlar.
sizden anlatılan bu meselede bir atalma meselesi var. Sandan diyen namı, Cisvenci'nin sandan da tavsiye. Ya Cisvenci emez. O Shujiku. Shujiku mu sandan da alması? Evet. Shujiku. Ben şu kadar izahatınızda kompüterden bu sandan dep ilandan dep bir Yak. Bu Hansuçi'de diyenlerden Cisvenci park düşüncesi. İngilizce'deki kompüterinin mühendisi hesap olucu. Şu doğru. Gelse canlı burada sanar da asap naat tatlı oldu. Doğru. Tatlı kılıp diyenlerden tokkallar Cisvenci'nden sanar da adalbulu kubul işinden ne bilip bir 200 neçe adal hususunda bir jurnalda makale ederken bir yakın çıktı. Bu sizden bu husus dinleyicilerimiz mi dikkatini çekti. Şu başka bir yerde ortağından yaş avlatlarının dikkat itibarına havalı kılıştı münasebet bir de şu izahat koştu. O iş baksanlar oldu. Doğru. Sansınlar mı naite yaxşı fikir oldu. Ben mi 200'ler atalım var. Şimdi çıktı o. Tercüme alımları kabul kıldı bunu. Ülkende biz Muşur İslam bilen tartışkan genellikle kanda şu ben oylaşkan kompüterin nim kılsak bula, kana tercüm kılsak bula dep. Uygurçada sansınlar naite yaxşı oldu. Meni oylagınını dep baksam emdi ben Doktor Nimetullah Reşidi. Transfer ben tıbbi bilim yurtuna 1969 biterken 67-68 yaşında. Mama arkadaşlar nimsi Davalaş Cemiyeti'nin yerdeki temsilcisi vekili Muhtakaslar Komitesi'nin azası. Katışıpırdı rahmet. Çoğunların işinde cep bilimi var, tatlıları var. Rahmet. Ma İngilizce siz her Uygurlarla ilgili tipik bir aşağı temsil kılınan bir Yusra'yla çıkıdı, başkalar çıktı. Ya çık Uygurlarınki yoktu ki. Yok. Mesela bunu Uygurlar boşuna okşaydı da kılın neyse gormayla şu. Mesela Uygurlardan gelsen net men 100 mingni qilib aşağıda köprek uçraydigan bir çıkayını çıkmaydı. To'g'ri. Mesela bir Fransa'da gibi, Amerika'da gibi Avrupa'da çıkılamaydı. İngilizce bu bir narsa, bu ilmi asası bu, maksinsal bir narsa bu bir geçiyor. İngilizce nişko Uygurlar Türkler okşamaydı, nişko ortalık Türklerle kumulu okşamaydı ise, bunun ilmi nimesi o Türk Uygurlarınki milletin tertip işlemi etmiyor, bugün beden vücudunki. O Türkler mesela iki çok kavimdeki birleşikliği çıkan mesela birisi o Kavkaz diyelimler, birisi Mongol, ikisinin birleşmesi. Bizim verdiğimiz evlerde kumul Türkler diyelimdeki bu Mongolların tersi köprek, bu gen, fizyolojik vücudunda muhteşem şekilde işte. Bu Kaşgar'ınki, Ozma tarafınki, bu Kavkaz tarafınki, o gen fizyolojik tesiri köprek. Bunun asasında düşenlisi budur mesela bu Türkler için. Sen Türksen ne çıkacağını okumayınca çünkü bundan da dese, böyle bu. Bizim Türkler buraya gelgenlik bu 1000 yıl buraya gelmiyor. 1000 yıl buraya gelgen bu yerlik milletler başka yaşamak için. Hemisi bir kendini dolaşıyor. Sınıf hazırlıkta Türk milletini şekillendiriyor. Bu yerlik milletlerin tesirinden hazırlık Türk milleti şekillendiriyor. Yine birisi bu yemek içmek, havarayı bulama mesela bedenini içiyor. Tüzücük tesiri oldu. O da bu 90'lık onun sakalının biraz kayan oldu değil mi? Onun şamanın tesiri oldu. Şey. Tamam. Cevabı kaydı. Süre kapının oldu. Nimetullah akımına cevabı vereyim. Ben şu kompüterini nimde tercüm kılsak dep oylap bakalım diye. Hem de mesela Uygurçada mesela bir sözün tercüm kılganda nim bolsa biz isim karakterli tercüm kılkemiz. Şu mesela bir narsa isim versek isim nim kılıp oylayıkemiz. Ama
burunqi narsa meni to'g'ri emasmi o'qimayman, men turkiyaga masalan nima emas. Masalan, yenge degan gap endi masalan buyruq shaklida keldimi deb o'ylab qoldim-da. Masalan, yenge qachon yengisiz deb, xuddi buyruq bo'lgandan keyin ba'zan bir gaplar shu buyruq shaklida keldimi. Masalan, turkchada bor buyruq shakldagi bir buyruqni to'xtatmay bir narsa beraversak, oxir bu buyruq shu narsaning ismi bo'lib qoldi ekan. Shunga o'xshash masalan, kompyutermi bir meniki o'ylig'ini endi. Ba'zi qiyinlarning buyruq shaklini birleştirib isim yasaydi. Bizde mesela Hayber'nin Uygurca'da ötken deymiz. Ütüşünün bu şey, kendine evet, doğru. Şununla bu Türkçe'de ne yapıyor? Salfanlı Türkler çek yapıyor. Çeki hem çek hem yap dediler. İki buyruğunu birleştirip bir at koydu. Ülkede biz bu Hayber'e Musa at koyuş, handak at koyuştak olarak hep bir lovat tartışıp aldık. Vekil çarptım dedi. Hayber'e günü kalkan bu vekili çarptı diyen beş boğumdan adamın yeni ektiriş bu akıllı sıkmayı bunun için şunu da kısa boğum sağlamak bazı işbatı zorluğu yaratmaydıgan der mühendisi verdiğin bir sözünü tallaşsa hatır boğalırsa o adalı cürüşür. O zaman ne iş gerek? O zaman aç yok. Aç yok ve yapma. Onu ilk oldu üst çay. Üstçe buluşma mümkün. Yani bu da tercih yolunda yerine çok değişiklikler buluş ihtimali mümkün. Aşağıda üst çat degen bu buyruk şekilden geldiği məlumda şu. Şu usulda kullansak buludu demek için. Doğru. Sen de koymak için. Ha, ben şu toxtumay buyruq vergenke o hesaplaydigan narsa var ki hesaplayalım deb qo'ygan shu. To hesaplaydigan mı? Hem addi hem meni o'ylig'ini hem boshqa. 55 tane isim yazılıcı qo'shimcha tiqlar var. Söz qo'shimchalar desek. To'g'ri. Aql qismına tiq deymiz. Shunda tiqib var bir millat her qanday adamga haq qo'yadi. To'g'ri. Bizim yüzümüzden bu yürüyüşünün güçlerimizle nemi kılalaydıgan bilim adamının kadir bulanmasında meydana gelen bir hadise. Doğru. Tamam, rahmet. Onda olsa başka soğanımı var mı? En ahır bir soğanlarımız. Bulmuşsa siz bizim başka gibi var mı? Meniki başka ipim yok. Ben şu bir vakit olsa şu tilde torbetini azırak nem qilib qo'yay degandim, tunishtirib qo'yay deb. Şu hazır tilde torbetiniki mesela yeni Türkçe öğrengen bolalar için internet unutmadım ben. Onu yeni bir nem qildi yazayım tilde. Bo'ldi, nem qilib tilde deb kirsanglar, izlasanglar mesela Türkçe, Uyg'urcha lug'at desanglar hozir Google'da birinchi bo'lib chiqyapti. Shuningki, munbar ochildi. Munbarda har xil Türkçe materiallar bor. Ama yeniden toplanyapti. Mesela müşahidganlar mesela Türkçe öğrenip, Türkçe materiallarınlar var. Şu yerga yig'ib qo'yishinglarni tavsiya qilman. Bugungi temada to'xtamay iz degan bir narsa chiqdi, iz degan bir ufqum. Men kelgan vaqtimda men baq qiynalib ketgandim. Bir ishtag'am ishada yo'l topolmay, ya bo'lmasa bir ishlarni qilolmay, nayt qiynalib ketgandim. Bir qopib sening bu ishni jafo tortishing to'g'ri deb o'yladim. Men bu xato dedim. Chunki men jafo tortishdan qo'rqmayman. Hammadan qo'rqadiganim bir Uyg'urning tortib bo'lgan jafosini takror tortish. Bu meningki ideyam. Shunga Mishada o'zinglar minib bo'lgan yo'lni boshqalarga mang'uzmayli, faqat iz qoldirib mayli, shunga izlab bu she'rni men bek yaxshi ko'raman. Shunga har qaysilarningki masalan yana bir hikoyani deb beray, hamda yaqinda bo'lgan bir ish. Vatandan ota-onam keldi, ota-onam kelib, akamga pasport bejirish uchun pasportningki chaqiriqnomasini men apam dadam kelgan ekan, apam dadam bilan avatdim. Chunki ular eng tez, eng yaxshi avat berdi. Shunga bu pasportning qog'ozini olib qarasa, u yerdagilar nima deb tursa, buning konverti yo'q-ku, pochtadan kelmabdi. Buning biz pasport bijirib berolmaymiz degan bir narsani chiqardi. Endi buni amaliyotda bu voqeaga uchragan men birinchisi emas ekanman. Ammo buni ben mush voqeaga uchragandan keyin men yozdim.
Məsələn, hər qaysı törbətlərdə bundan keyin çağırıq əvətganlar birisinin qoldan əvətmanglar. Çoxum bir tal nimdən əvətdinglar, bir poçtadan əvətdinglar desəm, birisi kendini yazıbdı. Aynen de biz koydu. Aynen degen nima olsa men shundaq bo'lgandim deydi. Sen shundaq bo'lgan odam nimishqa mendan burun yozmading yani. Sen yozgan bo'lsan men o'qidiq men tushmaydim emasmi? Yani şuna o'xshash shu mayli hayotimiz mayli qaysi kasbda bo'lsin yoki qaysi turmushda bo'lsin, bir-birimizning tajribasini, natijasini boshqalarga so'zlasak, tixinbek ilgilanmaymiz. Uyg'urlarningki mencha ilgilanmaslikki sababi birimiz mangan yo'lni to'xtamay manyapmiz. Eğer birimiz mangan yo'lning oqidan yana ulab mangan chog'da anikin taraqqiy olaymiz deb o'ylayman. Teşekkürler. Mehmet Tursun hükümümüzden Allah razı olsun. Mehmet Tursun diyeyim. Osman Can Tursun hükümümüzden isimler. Gayet yaxşı bir doklat verdi. Allah razı olsun. Hemen ki kuskumu açkandı. Tamak keldik için aslan kavette mihmanimi var. Tamak yediğen aşkanı var. Ayda tamak yiyebilip onun dinki namazımızı ütüyebilip hadi saat neçe oldu? 12 yerim boğan bolsa aslında yarım saat eşip gitipti kapılmayızla. Bir yarım saat vakit temdi. Ne kılımız onun dinkin? Bir yarım saatin pek uzun okuydu. 1 saat 15 minut bolsun. Yani işkiga 15 minut kalgan çağda işkici katımlık nimimizde resmi başlayımız. Hemen Allah razı olsun. Rahmet sizlerge. Cahan rana içre bilimdektir güzel yar Akademisi reisi Doktor Ablet Turan Efendi ve kardeşim Abdülaziz Beşdoğrak'a rahmetini bildirmen. Aldın kıtımlık Uygur Akademisi ilmi muhakimi yığınında ben doktoratımı sunğandan keyin özellikle Ablet Turan Efendi meninki 4. kıtımlık doktor okuyucular ilmi muhakimi yığın üçün fizika, kuantum fizikasi hakkında bir doktorat hazırlaşımını talep qilgandim. Ben şu vaqtda endi yaxshi bir doktorat hazırlap, amibab herkes düşengidek aşında deb o'ylagan. Lekin shunda bir yaman mijazni yuqtiryaptimi? Vaqt baken deb o'tkazib yetdi ekanmiz. Az qolgan vaqtida endi ishdik tez qilganlikdan o o'zimizning ko'ngildagidek chiqmay qoladi ekan. Hem de aldırışçılığımızı bahane kıldık. Hem sel aldırışım bulup kaldım. Rastlıysam bunu digendek zerç fiziksi ve kuantum fiziksi hakkında bir neslerin amibab şekilde bir nesle hazırlamak istedim. Lekin şunun ki yıkırak gelediğen yığınacak sızık tezletkiş deydiğen bir sunumla hazırladım. Compact Linear Collider deydiğen compact deydiğen epçil manda yığınacak manda kötüreşik eplik deydiğen ma'nosi var İngilizce. Endi linear collider sızıqlıq tezletkiç. Bu yer collider degeni İngilizce falan belki soquşturğuç degan gap. Soquşturğuç. Bu yer tezletkiç nima uchun tezletkiç deb aldım? Zarch fizikasida yuqori energiya fizikalarida zarchilarni yuqori energiyada tezletish orqali zarratlik zarchilarni o'zaro soquşturib bu zarchilarni yangi bo'lgan zarchilarni tepib chiqishni maqsad qiladi. Buni click deydi, hozir yangidan o'tirib qo'yilayotgan project click project deydi. Bunun oldi bilan qisqacha bir arq ko'rinishga kirish so'z beramiz. Click zodi nima haqida? Kengri bir umumyuzlik bir nima bergandan keyin, andan keyin o'lchamlik model, zarchilar fizikasida o'lchamlik model deydigan model var. Zarchilarni, hozirgi bayqalgan zarchilarni yig'inchoqlab chiqqan. Andan yangi fizika o'lchamlik modeldan keyin, bu o'lchamlik model deb o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu hozirgacha. Lekin bu o'lchamlik model hozirgi umum hamma fizikalik hodisalarni to'liq ifoda
Bu tamamlanmagan hesapta. Bunun aylıqı bucak kısımları var. Tamam bir bina okşatsak, bu tek bütmegen bina degen gepte. Şunaqanda yeni fizikada ölçemlik modelden keyinki cevap tepilmagan bazı suallarga cevap tepiş maksat qildi nazariy fizikada. Endi zarch tezlatkuvchilar haqida azroq qisqacha tushuncha beramiz. Endi siziqli tezlatkuvchilar zodi nima? Chunki compact linear collider dedik, siziqli tezlatkuch deb. Endi siziqli tezlatkuch, aylanib tezlatkuchlar haqida, tezlatkuchning turlari haqida, endi yig'inchoq siziqli tezlatkuch haqida bir qadar çok pek tepsili olmasın, çünkü bu bek nima? Kesbi atalgılar olganlıktan bek kesbi sözler kessem belki eta özem düşünmeslik mümkün. Amal var. Başkalar düşen gidek amibab addi kılıp bir nesillerini hazırladım. Kiriş söz kısmında yukarı enerji fizikisi. Biz dedik yukarı enerji fizikisi nemini maksat kılıyor? Yukarı enerji fizikisi zercilerini fizik uşaq zərcilərini, məsələn, elektron, proton deb anlagan boğaytdınlar mı? Ularını yuqur tezlikdə tezletiş arqılıq, nəhayət yuqur energiyada tezletiş arqılıq, ularını soquşturuş arqılıq, fizikideki bilinmegen suallara cevap tepişini məqsəd qılıdı. Məsələn, bu rəsimdə göstərilgəndək, rəsimdə göstərilgəni elektron bilan pozitronunki soqaşqançaqdakisi, soqaşqaçı partlığa vaxtidiki asılı qıyğan yeni zərciləri. Mesela her xil soqaşqa vaqtida her xil yangi zarchilar hosil bo'ladi degan. Bu javobsiz savollar tera elektron volt yuqoriq tera elektron volt degani nati million billion ya'ni billiondan cho'ng milliarddan cho'ng bo'lgan darajadagi nati yuqori darajadagi energiya elektron volt. Yuqoriqdagi buyuk hadron soqishtiruvchi balki anglagan bo'lishinglar mumkin Large Hadron Collider. Shveysariyaningki Jeneva'ga yaqin bir yerga joylashgan CERN'ninki bir tadqiqot temisi. Uni tek bu yil Nobel mukofotiga erishgan Higgs, Angliyalik fizik olimi Higgs, mush to'g'riliq, mush cho'ng tur orqali Higgs bozonlarini tep chiqdi olimlar. Shuning tufaylidan bu yillik fizika Nobel mukofotini Higgs deydigan olim oldi. Enadekin bu buyuk hadron soqishtiruvchilarini bundan burun degan nurg'unlar mushu tarixdagi eng yuqori energiyalik, eng zo'r chiqim ketgan, mushning bilan fizikaning barliq savollariga javob topamiz deb masalan o'ylagan olimlar. Shuni buning 2009-yildan 2012-yilgacha tajriba ishlash orqali bir qism zarchilarni topgan bo'lsa, uni Higgs bozonlar deb bu yil 2013-yillari onu cezimleştirdi. Hakikaten bu. Higgs bozonlarini tapkan bolsun mu? Lekin yana bir moncha yana tepilmagan bazı suallar meydana çıktı degan gap. Bunu meydana çıkarış için, bunu tepiş için energiyasini texidimi yuqorilishimizga to'g'ri keladi. Bunun energiyasi tera elektron men dedim-ku, nəhayət milyarddan nechasi milyarddan 3 xani yuqori tera elektron volt. Uningdan yuqori qilishimiz kerak. Endi buni so'qashtirib texidimi yangi zarchilarni texidimi yuqori energiya so'qishtirish uchun. Bunun deb bu büyük hadron soqishlari muhim ishni ta'minlagan bo'lsa-mu, lekin CERN'dagi olimlar, CERN'dagi zarch fizik olimlari bu proton soqishtiruvchilarga yandash to'liqlig'i sifatida, ya'ni lepton soqishtiruvchilarni yandash qilishning kerakligini o'tirib qo'ydi. Shunda bo'lganlik uchun bu proton bilan proton soqishtirishdan boshqa yana elektron bilan pozitronni soqashtiradigan yo'g'in mushunga yandash keladigan Large Electron Positron Collider va International Linear Collider ikki turni o'tirib qo'ydi. Shuni bilan yandash holda u rasmiy ishga kirishtirilmadi, lekin hozir boshlanyapti. Eng yuqori energiyalik lepton soqishtiruvchi CERN'dagi lab hozir deganim lab degani Large Electron Positron Collider. Elektron bilan pozitronlar asosiy zarchilarni yenik bo'lgan. Large Hadron Collider deyilganda oldingi qismdagida ikki tane proton o'zaro soqishadi. Proton asosiy zarchi emas, uning tuzilishi bor. Elektron bilan protonning hozirgacha tuzilishini hech kim topolmadi. Tuzilishi bo'lmagandan keyin buni soqishtirish aning qaraganda afzallik ega degan gap. Endi buningki aylanma uzunligi yuqori bo'lsa-mu, mesela 27 kilometr aylanma uzunligi yo'g'in.
Shunda bo'lsa, bu aylanmamizda qancha yuqum bo'lsa, uning tezligi ham shuncha yuqori bo'ladi degan gap. Nur tezligiga yaqin bir shaklda teziladi. Shunda bo'lgan bo'lsa, buning bir kamchiligi bor. Synchrotron radiation deydigan bir nima bor. Zaryadlik zarchilar aylanma harakat qilgan vaqtida xuddilik chaqpelekdek nima pichoq chaqlaganini ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Chaqpelek aylangan pichoq chaqlasa o't chiqillariga urinma yo'nalishi uchib chiqamdi. Shuning o'xshash shu zarchilar aylan yuqori tezlikda aylanganda uni urinma yo'nalish bo'yicha energiyasi xo'rab uchib chiqdi masalanchi aylanadi. Shunda bo'lgani uchun nurg'un energiya xo'rab ketadi degan gap. Xo'rab ketganligi uchun biz aylanma tezlik kuchiga nisbatan qaraganda texmi yuqori energiyada tezlantirganligimiz uchun siziqlik tezlik kuchini endi yangi fizik uchun siziqlik tezlik kuchini tanlaganligimizning sababi mishadi. En bu yerdeki epçil siziqlik tezlik kuchi deb ma'lum epçil yig'inchoq siziqlik tezlik kuchi deganimiz endi gapning o'ziga kelsak, yig'inchoq siziqlik tezlik kuchi degani shu tamomlanmagan o'lchamlik modelga javob izlaydigan. Yuqori nati 3 tera elektronlik qadar energiyaga ega bo'lgan elektron bilan pozitron ikkisi erkakchi elektronlardir. Birisi erkak, birisi kishi. Shuni o'zaro so'qishtirish orqali yangi fizikaga javob izlaydigan bir so'qishtirish mashinasidan iborat, klik deydigan. Buni nima uchun kompakt dedik degan vaqtida, buning uzunligi masalan o'zining energiyasiga boqqanda uzunligi masalan cho'ngligi bir qadar kichik. Aşı enerjidagi boshqa tezlik kuchini qilsa, uzunligi texim uzrab ketadi. Masalan, 40 kilometr berib ketishi mumkin. 40 kilometr necha 100 kilometrga. Shuni buni yig'inchoq siziq tezlik kuchi dedik. Bu turga hozir dunyoning 20 har qaysi o'lkalari, 22 davlatdan 43 institut tadqiqot o'rinlari, universitetlar mushundan qatnashyapti. Buning ichida Turkiya ham bor. Endi bu dokladimizda shu klik haqida qisqacha bir narsani deymiz. Uning o'zini ham emas, endi nazariya fizikasiga oid ba'zi zarchilar fizikasi shularni qo'shib endi oq ko'rinish nazariya. Fizika degan vaqt ko'pinchalarimiz harakat, tok, ko'pinchalarimiz bilmaydiganlar fizikada nima yo'q keldi, tok elektr yo'q keldi, tok biliy olamsa deydi. Fizikaning bir tarmoqi ham hisobda. Fizika degan aslida grekcha gap, tabiat falsafasi degan gap, tabiat falsafasi. Bu fizikaning asli nimasi falsafa hisobda. Estetik mahiyetin nereden çıkan? Mesela bu sebep netice münasebeti. O nereden yapılan? Bu nime için bunda olur? Nime için hareket kıldı? Mesela küzütüp yıldızlar nime için aylandı? Nime için mağdı? Yer şarı nime için koyaşın aylandı? Şulardan fizik terakki kılıp kelgen deyin gibi de. Şu felsefe. En azından bunun içinde en büyük felsefe hem de hazır. Bir hazır tartışılıp atkan bir felsefe. Alem biz zaten nereden yapaldık? Alem zaten qanda paydo bo'lgan. Buni moddiy nuqtadan olimlar texcha hozirgacha tadqiq qilib chiqyapti buni. Masalan, zaten biz nereden kelib qoldik? Alem qanda paydo bo'lgan. Buni alem qanda paydo bo'lgan alem modellarini cho'ng portlash nazariyasini o'tirib qo'ydi. Cho'ng portlash nazariyasi. Uni keyingi slaydlarda deymiz. Enaldikin zarchilar va barliq moddalarni zarchilarga bo'lib olamiz. Masalan, har qanday narsani chugisangiz hukm talqan bo'lib ketdi, uni chugib bersangiz, u parchalanadi, cheksiz parchalanadi degan gap. Ash parchalangan qismlarni zarchilar deymiz biz. Ana shu zarchilarning turlari bor, har xil turlar. Anadikin asos zarchilar, topgan asos zarchilar, anadikin tepilmagan, lekin predict taxmin qilingan ba'zi yangi zarchilar bor. Ularni tecrübe orqali topamiz. Yangi zarchilar deganimiz shu. Aniq tezlatkich so'qishtirish boshida deb o'tdim. Ikkisi o'xshash gap. Yuqori energiya, yuqori tezlik, yangi zarchi. Bu yerda nima degan gap? Bu yuqori energiya, yangi tezlik, yuqori tezlik. Boshida deb o'tganimdek, qancha yuqori tezlikda tezlatilsa, zarchilarniki, masalan, zarchi tezlik kuchlarining ikki xil roli bor. Birinchisi tezlatish so'qishtirish orqali yangi zarch paydo qilish, yana birisi so'qishtirish orqali texniki yangi bo'lgan fizikalik qonuniyatlarni tepib chiqish. Endi shunaqangi energiyasi qancha yuqori bo'lsa, tezligi qancha yuqori bo'lsa, energiyasi shuncha yuqori bo'ladi degan gap. Shunaqanda texniki yangi zarchini tepish uchun energiyasini texnik yuqori qilish kerak, yangi zarchini shundan topib chiqamiz degan gap. Hozir butun gapni yig'inchoqlagan vaqtida bek yuqori tezlik, nur tezligiga cheksiz yaqinlashgan yuqori tezlik degan gapda. Keyin ketib qoldi. Ham zarchilarning turlariga bo'linishi. Fizik o'qiganning hammasi hammalar bo'lishinglar mumkin. Zarchilarning hammasi
Yani bu zerreciler aldığımki 2 dakika önce dep öttüm. Zerreciler maddeların tüzgüçü en küçük asası birlik. Xudu bir binanı bir tal qishdan qo'pirab chiqqanga o'xshash. Mush moddalarni mı parçalasak, moddalar şu zerrecilerden kelib chiqqan moddiy asosi zerreciler deb qaraladi. Bu zerrecilarni turlarga bo'lgan vaqtida ikki cho'ng turga bo'lamiz. Fermiyonlar ve bozonlar deb. Bu fermiyonlar maddani tuzgichi, maddenin özünü tuzgichi, qishlar merkezleşib, mesela binanın qish parçalı kayışlara o'xshatsak bo'ldi. Enadikin bozonlar bu binanın tuzgichi emas. Şu binanı yepiştirgichi lay simutlarga o'xshatsak bo'ladi. Mesela bu bozonlar nima degan vaqtida shu zerrecilar o'tirsidagi moddalar o'tirsidagi o'zaro ta'sirni kuchni paydo qiladigan zerrecilerden ibaret. Enadikin fermiyonlar baresinde gösterilgendek bozon fermiyonlardan. Fermiyonlar hadron mezun baryonlar deb yana neçigi bölündü. Bu yerda bekmi tefsili deb ötep ketmey. Bizning bek merkezleşiwagynymyz nima degende ama şu tötmüş bozonlar. Birisi H gamma degeni foton, G degeni graviton, u bayqalmadi bu teqe alimlarning farzi yer chekimini, yer alimi tartish kuchini shu paydo qilgan deydigan. Yana birisi Z bozon. Z ve W bozon deydiganlari fotonlarga o'xshash kuch ta'sir qilgan, ojiz kuchni ta'sir hosil qiladigan, to'shiydigan zerrecilerden ibaret. Eng merkezleştirdiğimiz Higgs bozonlari, H0 deydigani, Higgs bozonlari. H0 0 töpüge yazıldı, aslında yazılıp qaptı. Töpüge yazıldı, Higgs bozonlari. Enadikin keyingisiga o'tsek, cho'ng portlash nazariyasi. Başta deb o'tganimdek alem modeli, alem zati qanday paydo bo'lgan degan vaqtida buni bir şey uruplam tapgan gap emas. Cho'ng portlash nimada portlab qilgan deb o'ziga deb qilgan emas. Nurg'ulg'an ilmiy tadqiqot natijalari, ilmiy asoslarga asosan bu cho'ng bir narsa bir yo'q bir energiyadan portlab kengayib hozir alem shakllangan deydigan ilmiy asos. Hozir butkul 90% mutlaq ko'p ilim-fan xodimlari tomonidan o'rtaq e'tirof qilingan bir model, endi alem modeli, cho'ng portlash modeli. Buni dastlabda belgiyalik olim George Lemaitre deydigan odam faraz qilib ekan buni. Buni cho'ng portlash modelini zaten nimaga asosan shunda cho'ng portlagan deganni qanday deb chiqqan deganda bu yerda Doppler effekti deydigan narsani bilishinglar mumkin. Masalan, buniga misol qilsam, masalan, saqchi mashinalari yoki signal berib tez ketib qolgan mashinalarni yendan o'tib ketganda qilib nima ovozi bir xil o'zgardi-ku. Mana bu Doppler ovozning Doppler effekti deydigan gap. Doppler deydigan olimning nazariy deb chiqqan nazariyasi. Bu Doppler effekti ovoz to'lqinlariga emas, har qanday bir to'lqinga, tevrinish to'lqinga mos keladigan narsa. Bu Doppler effekti degan nima degan vaqtida harakatdagi jismlarningki, harakat qilayotgan jismlarning masalan taqatgan to'lqinining harakat tezligiga qarata chastotasining o'zgarishini buni Doppler effekti deymiz. Muqim tumayda chastotasi o'zgarib, shunlash ovozi yashında anlanadigan gap. Anadikin bu Doppler effekti kozmik alemga tatbiqlasak buni yulduzlardan kelayotgan galaksiyalar va galaksiyani bir tushuncha berib o'tay. Galaksiya degan biz osmon qarasak quyoshni ko'ramiz. Quyosh sistemasi degan nimani bilamiz? Quyosh sistemasida 7 planet bor. Shunami? Quyosh sistemasining sirtida yana planet o'zimizning quyosh sistemasiga o'xshaydigan, yana nurg'unlagan ayda sistemalar bor. Buni bir galaksiya deymiz. Galaksiya. Mesela osmon qarasak, yo'riq bir yulduzni ko'rgan bo'lsak, bu bir yulduz bo'lishini atayin. Shu quyosh sistemasiga o'xshash galaksiyalar, nurg'un planetlar va yulduzlardan tarkib topgan bir galaksiya bo'lishi mumkin. Shu olamda hozir nihoyat cheksiz cho'ng 200 nechim hozir aniq bilmagan narsani demay, nihoyat cheksiz bo'lgan bir galaksiyalar to'plami bor. Endi galaksiya Maus cho'ng portlash nazariyasi zodi qanday nimaga asoslanib o'tirib qo'yilgan degan vaqtida kengayayotgan olamning kengayish haqiqatidan foydalanib buni o'tirib qo'ygan. Bu olamning kengayayotgan Amerikalik olim Edwin Hubble, astronomiya olimi.
Bu galaksiyalarning teleskop orqali, masalan, o'lchan galaksiyalarningki yer sharidan yiroqlashib tezlik bilan yiroqlashib ketib qolganligini, shunda red shift qizilga yo'tkilish nazariyasidan foydalanib, masalan, Doppler effektda yiroqlab ketib qolgan galaksiyadan bizga nur kelyapti, shunami? Nur kelyotgandan keyin yiroqlashib ketib qolgandan keyin u nurning chastotasi mangan sir o'zgaradi. Shunaqandan keyin qizilga yo'tkildi. Qizil degan to'lqinli qizil nur. Bizning to'lqinli. Shu qizilga yo'tkilishi amaliyatidan foydalanib, buning kengayayotganligini o'ttirib qo'ygan. Ham cho'ng portlash nazariyasiga asoslangan vaqtida olam bundan 4,35 ko'paytirilgan 10ning 17 ders. Ashning keyinidan 17 dan 0 bor degan gap. Nayt cho'ng son bu. Ashinchilik sekund ilgari nayt zish bo'lgan, chetidagi zish bo'lgan bir energiyadan hech qanday modda deydigan narsa yo'q. Faqat energiya va hech qanday nima. Shu energiya portlab chiqib, endi bu g'alati nuqta deymiz buni. Portlab chiqib, eng dastlabki 3 sekundda asosiy zarchalar proton, neutron deydigan asosiy zarchalar shakllangan. Undan keyin elektron, pozitron deydiganlar shakllanib, o'zaro elektronlar protonlarning atrofiga kelib, undan keyin mana aylanib atomlarni shakllantirib, undan keyin atomlar moddalarni shakllanib bora-bora hozirgi kengaygan siri galaksiyalarni, yulduzlarni shakllantirib, hozirgi olamda shakllangan, hozirgi olamni nur yuqori tezlikda kengayib ketib bordi deydigan narsani o'ttirib qo'ydi. Big Bang deganmi shu? Bekçi vaqtini almaslığı mümkün tez kedildi zaten. Zaten bek nimemiz, köp emas. Andan keyin aqsdiki nimani bek tez ötküzüp etsem boldu. Andan ölçemlik model. Ölçemlik model deganimizni yig'inchoqlasak, zarchilar fizikasida hozirgi so'qishtirish tajribalari orqali topgan, olimlar topgan zarchilarni turlarga ayirdi bunda. Zarchilarni fizik deganning o'zi nima deganda modda va ular o'tirishga ta'sir kuch. Maddenin hareketi ola oturuşu tesir güç. Yani maddeler ne? Zercilik yig'inchoqlasak bo'ladi. Tesir güçne tesir güçne mana. Endi zercilarni turga bo'lib bo'ldik. Fermiyon, bozon deb. Endi tesir güçlerini 4 asosiy tesir güçü bor deb fizik o'tirib qo'ydi. Kuchlik o'zaro olimlik tortish kuchi, Newton dastlabda o'tirib qolgan har qanday olimning beshig'i tushayotganim shu. Har qanday massaga ega bo'lgan shikiljisim o'tirdi tortish kuchi mavjud bo'ladi. Andan keyin ojiz o'zaro ta'sir kuch va elektromagnetik ta'sir kuch. Hozirgi shu bizning ko'rayotgan dunyosimizda bizning o'tirishimizga har qanday narsani qo'lam tutib turgandan shunday turalish sababmi elektromagnetik ta'sir kuchdan iborat. Ko'pinchimiz atrofimizda elektromagnetik ta'sir kuch. Andan keyin yuqori kuchlik o'zaro ta'sir kuch. Bu atom bombasi shu. Atom bombasining nimasi? Kuchlik o'zaro ta'sir kuch. Endi aciz güçlen elektromagnetik gücüne aldığın asırının 60. yılları, 67. yılları 3 alim, onun içinde Müslüman alim Pakistanlı Doktor Abdüsalam mı var? İkisini birleştirgenlik için Nobel mükafatına erişken. Endi ölçemlik model asaslanğanda alemki barlıq modellar quarklardan ve leptonlardan tüzülgen. Quarklar degeni 6 tane quark, 6 xil quark ve 6 xil lepton. Lepton degan yenik zarchalar degan gap elektron bilan pozitronning o'ziga ketadi. 6 tane quark ve uningki erkek tishillari. Masalan, erkek bo'lsa, buning tishillari bor, ya'ni 12 bo'ladi. Ma leptonlarning shunda bo'ldi. 6 xil quark ve 6 xil lepton ve bozonlar bo'lgan graviton, foton, W ve Z bozonlardan ve ahirki Higgs bozonlardan tuzilgan. Muşning yig'inchoqligi ham hozirgi bütün fizikini mush jadvalga yig'inchoqliqda o'lchamlik modelda. Endi o'lchamlik model bo'lgan bo'lsa-mu, yana bir tutash tamomlanmagan bir yeri bor buniki. Yani bazı savollar bor chiqqan. Shuni tep chiqish uchun hamda bu asosiy 3 nuqtaga yig'inchoqlangan nima deydi? O'lchamlik modeldan keyingi narsa nima deganda massa. Zarchilarning massasini nima keltirib chiqardi? Massa degan zot nima? Massa deymiz, massa degan zot nima? Uni hozirgi olimlar talash qilib, hozirgi tadqiq qilayotgan narsa. Eng asosiy kuchlarni birlashtirish. Doktor Abdusalam 4 xil kuchni ishkin elektromagnetdan ojizni birlashtirdi. Yana olimlar qaraydi, 4 xil kuch emas, 4ning hammasini alayda bir xil kuchga yig'inchoqlab, o'xshamagan sharoitga o'xshamagan holi debchi. Shuni birlashtirish.
Texmo compact aletga keltirish. Anki neytron tevrinishi deydi. Buni demasam bo'ldi, bek kesbiga bitishdi. Buni neytron tevrinishi deb qarasak bo'ldi. Neytron degan naydi ghost particle deb qo'ydi buni. Jin, shayton zarrachilar deb. Ko'gini olmaydi, tutunolmaydi. Uni nima qilganim bo'lmaydi, zot tekshirganim bo'lmaydi. Shunga bu neytron tadqiqoti dunyoda hozir yangidan boshlanayotdi. Nayt test mablag' jiq ketdi, chunki buni tapqini tutqun olmaydi. Ghost particle deydi. Undan boshqa qarang'i energiya, qarang'i modda deydiganlarni anglab bakkan bo'lishinglar mumkin. Hozirgi olamning 4% moddalar, hozirgi biz ko'rgan zarrachilar moddalar aran 4% tashkil qilgan ekan. Undan boshqa mutlaq ko'p 90% qarang'i energiya, ya'ni bo'linmagan boshqa bir zarrachilardan tuzilgan bo'lishi mumkin. Hozirgi olimlarning tadqiqotimiz qarang'i energiya, qarang'i modda darajasida, anki darajadan tashqi simmetriya deydigan bilinmagan o'lcham, tarix nazariyasi deganni anglab bakkan bo'lishinglar mumkin. Shular degandek javobsiz narsalar fizik olimning kütüşün sırrını etişini kütüp durmakta deyimiz. Endiki zarrachi tezlatkichlar haqida buni tez-tez o'tib ketsak oldu, faqat tushunib qolsangiz bo'ldi. Endi zarrachi tezlatkichları elektromagnet meydonidan foydalanib, elektromagnet meydonidan foydalanib, zarratlangan zarrachilarni, mesela elektron, proton zarratlik bo'lish kerakda, uni o'zaro haydaydi. Mesela yuqori tezlikda haydash, tezlatish orqali o'zaro so'qishtiradigan bir asbobdan iborat. Ma resimda ko'rsatilgan bir jo'grafiyalik shakli yo'q, cho'ng. Nimadagi Large Hadron Collider, Shvetsiyadagi, Jenevadagi nima? Joylashgan cho'ng hadron so'qishtiruvchining rasmi. Ma shuning toneli. Aşında cho'ng tonelda shu protonlar menib o'zaro so'qishadi degan gap tezlatkich. Ha. Anakin zarrachining ichki tuzilma, masalan, zarrachilarning tuzilishida ikki xil maqsad ketgan, buni deb o'tib ketdim, yana dey, zarrachining ichki tuzilishini bilgan oldi, ichki tuzilishi. Masalan, bilmagan bir narsani cheqib turib ichida nima bor deb bilamiz, shunami? Shuning o'xshash cheqib turib buni so'qashtirishga bilgan oldi. Yana birisi yangi zarrachilarni paydo qilgan oldi. Shu ikki maqsad ketimiz ma'noga o'xshash. Shunga yangi zarrachilarni tepish, yangi fizik uchun texnikum yuqori energiyaga ehtiyojli bo'lamiz degan gap. Shunga texnikum yuqori energiyaga ega bo'lish uchun keyin so'zlaymiz. Zarrachi tezlatkichning turlari bor ekan mayda. Zarrachi tezlatkichning turlari ikki xil, siziqli tezlatkich va aylanma tezlatkich deb. Siziqli tezlatkich tuz siziq bo'yicha ikki tarafdan kelib, o'zaro so'qishtirish nimalar bo'lmaydi. Aylanma tezlatkich zarrachilarni chamber shaklli orbitida aylantirib, o'zaro so'qashtiradi. Anki siziqli tezlatkichning prinsipi nima degan vaqtda mayada rasmda ko'rsatilgandek, mana qutublari o'xshash yo'g'ini davriy kelgan, plus minus kelgan, mana qutublik silindrsimon kavakchilar va bu yuqori alayda o'tkazgichlik yuqori texnik bilan yasalgan narsalar. Anki bu elektron narsalari, elektron dasturlari, nurg'ulg'an elektron dasturlari mayadan kelgan vaqtda zarrat dasturlari. Elektronni plus tarafdan kelgan bo'lsa, elektronni plus tortadi, shunami? Tortib keladi. Anki nimalar nima orqali uzluksiz o'zgarib turdi qutublari. O'zgarib turgandan keyin tortib kelib maya kelgan aman aning qutbini almashtirdi. Qutbini almashtirgandan keyin u yana tortadi. A tipida tortadi. Shundan uzluksiz ayla ketib tizilindi degan gap. Shuning prinsipi shu degan gap. Endi buni tezlatkichga eng yaxshi misol qilish Stanford Linear Accelerator. SLAC deydi, bu Stanford universitetininki tecrübexonasi ham hisobda shu hisobda siziqli tezlatkichlarningki tipik vakili sifatida o'tirib qo'ysa qoldi. Endi aylanma tezlatkichga maya degandek boshda bilganimizdek Large Electron Positron Collider va Large Hadron Collider. Ikkisi MAO Large Hadron Collider hadronlar, protonlarni o'zaro so'qishtirdi. MAO elektron bilan proton, pozitronlarni o'zaro so'qishtirgan ikki aylanma tezlatkich degan gap. Anadagi deb o'tib ketdim, yana takrorlasam, buniki aylanmaning bir kamchiligi sinkrotron radiatsiya tufaylidan boshlangan pichoqchaqlagandek o't ushqilib ketgandek energiyasi qorab chiqdi. Shunda bir kamchiligi bor. Ortiqchilik tarafi uzluksiz aylanganlik uchun bu uzluksiz keyin-keyindan so'qashtirgan bo'ladi. Buni bir qitimda so'qashmaydi, keyin-keyindan so'qashtirganda bu yaxshi tarafi bor. Degandek. Anadagi elektron pozitron so'qishtiruvchilari nima uchun elektron pozitronni so'qishtiramiz degan gap chiqdi mayada. Nima uchun
Başka zerçilerini sokuşturmay, nima uchun elektron bilan pozitronni sokuşturamiz degan ish. Nima uchun sokuşturamiz degan vaqtida eng büyük proje degan Large Hadron Collider. Bu asas zerçiler emas. Men de asas zerçiler emas. Bu tüzlük, ichki tüzlükka ega zerçiler. Shunda bo'lganlik uchun buni soqishtirgan vaqtida eng aniq, precise, eng aniq bir javobga erishgan olmaysizlik mumkin. Agar asas zerçilarni soqishtirgan vaqtida aniq bir javobga erishimiz. Shuning uchun men ko'rganman, protonning 3 ta tuzilishi bor, 3 ta var. Mening hech qanday tuzilishi yo'q. O'zildi soqishi degan gap. Anatki elektron soqishi nima uchun siziqlik tezlatgich endi? Nima uchun siziqlik tezlatgich degan vaqtida sinkrotron radiatsiyasining yuqori energiyasi qancha yuqori bo'lgan sari uningki energiyasining 4-darajasiga o'ntanasib energiyaning qo'rishi energiyasi ortgan sari 4-darajasiga o'ntanasib bo'yicha ortib ketgan. Shuning energiya ortgansa buning energiya qo'rishimi shuncha yuqori bo'ladi degan gap. Shuning bilan buni bo'ldi qilib o'tamiz. Yuqori energiyasida siziqlik tezlatish o'tamiz degan gap. Endi bu sababdan shunday bo'ldi degan gap. Lekin xalqaro bunida tezlik ikki dona proyektni o'tirib qo'ydi. Birisi Linear International Linear Collider, xalqaro strategiya, yana birisi CLIC, bizda aytgan CLIC. Compact Linear Collider. Endi CLICni qisqa tushuntirib o'tdi, tugab qoldi asosan endi. Elektron bilan proton soqishgan vaqtida ikki xil ehtimol, tuvan energiya soqishgan vaqtida birisi ikkisi erkak zarcha, birisi erkak, birisi kishi. Soqishgan vaqtida u ikkisi modda. Soqashgan vaqtida yo'qolib energiyaga aylanib ketadi, sab energiyaga aylanib ketadi, tuvan energiyada. Zat uchrashgan vaqtida yo'qolib ketadi degan gap. Lekin yuqori energiya soqashgan vaqtida bunda bo'lmaydi. Nur hosil qilgandan boshqa yangi boshqa bir massalik zarchalarni, bilinmagan massalarni zarchalarni hosil qilishi mumkin. Shunga biz yuqori energiyada bu ikkisini soqashtiramiz degan gap. Anadagi ma'voylik Shveysariyaning Jenvaga joylashgan shu ashninki o'tirislik chamber Large Hadron Collider tuzgetgini CLIC project qurilayotgan. Uzunligi yangidan yasayotgan hozir. Shu boshdagi binafshi rangligi dastlab tiqib baqqani. Aniki teqidim energiyasini yuqorilash uchun ikki tarafga yeshilni uzatdik degan. Teqidim qilish uchun kelgusida akam ostidagi elektronlar, minus E minus degan elektronlar, oldiki E plus degan pozitronlar bo'ladi. Ikkisi o'zaro hosil qilingandan keyin bu yerdan kelib, ayat tizilib, main asosiy liniya tonilga kirdi, tizildi, ustidan kelib destek berdi, ustidan yordam berdi, mesela energiya to'liqlab berdi. Kelib o'ttirdiki IP deydigan yerda so'qishdi. So'qishi başa detektor, charlig'ichilar bor, detektorni deymiz. Sezgichi asboblar, undan biz bundan sonliq ma'lumotni kompyuterdan analiz qilib chiqaramiz degan gap. Shu enadikin qurilmasi shunday mudaki o'yliqi kavakchilar dedik-ku, elektronlarni qutblari o'zgarib turadigan yuqori alayda o'tkazgich kavakchilar, superconducting accelerator structure deydi. Ma'ni elektronlar mana o'tgan vaqtda tezlatildi. Buningki energiyasi 6 megavolt per metr. 1 metrga 6 megavoltdan tezlatib mana degan gap. Agar ma two beam accelerator structure'niki ma birsi, ma tarafga dry beam, asti tarafdagi qizil tug'ini desteklovchi, yordam beruvchi dasta ya ustidagisi aslida so'qashmoqchi bo'lgan dasta degan gap. Andan keyin qurilmasi ishlash bosqichi oldi bilan elektron pozitronlar hosil qilib, asosan LINAC deyilgan linear acceleratorning nimasi. Buni uyg'urchaga tarjima qilsam bek qo'pol bo'lib ketgan siziqliq, atqich siziqliq tezlatgich deb. Shunga atqich LINAC deb oldim. Atqich LINAC destek qadam tezlatildi. Eng destek qadam bir tezlatib olamiz kichkina. Andan keyin mayakkaga vaqtida chamberda turamdi. Chamberda turgan delay loop bor. Biraz kechiktirimiz, chastotasini moslashtirish, energiyasini moslashtirish uchun birdan bek tez yuqorib ketgan bo'lsa, sel astilib deb bunda muvofiq kirgizish uchun anki mayada combiner ring deydigan narsa bor. U yerga kirgizib, andan keyin nimaga chastotasini moslashtirib turib, nimaga kirgizimiz degan gap ashula hisobda. Andan keyin qurilmasi ishlash bosqichi ekan bumi. Haydaguvchining tok kuchi 100 ampere, 100 ampere degan aytdi cho'ng nima energiyasi 2.4 giga elektron volt. Haydaguvchi dasta energiyasi asosan tonlik 24 dona ayrima kuchlash nuqtasi endi hisobman deb o'tgandek 24 dona kuchlash nuqtasi bor. Bularning har bir bo'ligi impuls tarqatqichi elementlar orqali asos dastaga yo'llantiriladi. Shu
kesbi atallarning hamma shu uyg'urcha tarjima qilishga nim qildi ham shuni. Shundaq bo'lganlik uchun asosiy sektorda 4 ta dastda to'shig'ish liniya bo'ldi. Asosiy dast to'shig'ichi, haydovchi dasta, asosiy dast liniyasi, asosiy dast aralashtiruvchi liniyasi deydigan. Oxirida o'zaro so'qishudi yiliq IP deydigan nuqtada deyilgan. Asosiy dastisida shuna degandek dastlabda DC fotomiltiq deydiganni anglagan. Televizorning orqasidagi televizorning nimasi shu hisobda prinsipi fotomiltiq orqali nim qildigan. Shu orqali elektronlarni tiziltib chiqarib, hosilga chiqarib olamiz. Buniki 200 mega elektron bo'ladi ekan. Lekin DC fotomiltiq degani ACDC. Birisi o'zgarishgan, yana birisi turaqliq deydigan. Turaq. Lekin 1 gigahertzlik distributsiya sistemasi 2 tezlatgichdan tuzildi debdi. Qutuplangan nimadir. Lekin uning pozitron manbasi, ustidagi elektron manbasi, ostidagi pozitron manbasi 5 giga elektron volt asosiy elektrostatik linak, keyin aralash nishonli hybrid target debdigan aralash nishonlar deb oldim. Pozitron tutqich qismi pozitronni tutqichi ayadi balki. Endi 200 megavolt qadar tizilgan 60 linaga etib chiqaradigan siziqliq tezlatgichdan qilgan ayadiki tuzil debdi. Anadaki haydovchi dasta asosan shu boshda deb o'tganimizni yana takrorlaymiz. Bularni deb o'tirishim. Haydovchi dastaning umumiylik 2.16 kilometr bo'ladi ekan. So'radingizmi 2.16 kilometr ekan. Endi haydovchi dastaning o'zining. Endi hammani qo'shgan vaqtida undan ortiq bo'lishi mumkin. Ayada 2140 metr debdi-ku. Raqamimiz. Shular endi mayadagi asosli parametrlar bo'yicha mushni analiz qilamiz kompyuterda mushni orqali. Asosli parametrlardan biz eng qiziqadiganimiz ko'k bo'yab qo'ygan luminosity va center of mass energy deydigan. Luminosity deydigan parlanishchanligi. Parlanishchanligi deb elektronning qo'yiqligi deganga masalan qo'yiqligi. Qancha qo'yiq kelsa shunchaki yaxshi nim qiladi deganga. Lekin center of mass energy partlangandan keyin center of mass degani ikkidan udul massa udul yanto emas, delmidel udul so'qishgan chaqdagi energiyasi deganga. Energiyasi 3000 giga elektron volt, 3 tera elektron volt deganga. Qolganlari shu o'ziga xos parametrlar, mush parametrlarni aniqlaymiz deganga. Enadiki matonelning kesma yuzi shunday ekan. Bir odam o'rtirdi, birisi haydovchi dasta, yana birisi asosli dasta. Shun kompakt deymiz bir tonneldan. Kompakt ham bizga chiqinchaqli o'tgan bir xil nima. Yangi diametri 4.5 metr ekan. Kim so'radi? Tonnelning diametri. Foydalangan materiallari mush ekan. Endi teşekkür ederim. Bugünkü şu temin sonunuzda rahmet ediyorum. Çünkü ben fizik yolunu kızıkaldım. Bunun 10 yıl burun fizik okutuşuyla soğuşa aldıktım. Eşver fiziklerden kızıkış diyeminiz kadın bozulmadı. Bugün şöyle baydım şu vakıtlar isim geldi. Bayır sual dediniz bir yüksek çoğu enerjiyenin ki bir üzerine soğuşkanın yeni bir zayıfçılar hazır oluşu. Bununki mümkün değişimizin ki sebebi ne yani? Çünkü biz fizikada manda narsa mesela pen olab scientific ilmi narsalarga nisbatan mesela aldın tecrübeden aniq o'ttirib qo'ylab, uning sonliq natijasi jazmlashtirganga qadar uni tepildi deyolmaymiz. Xuddi jinoiy ishlardimi uni jinoyat dalil isbotlari uni gumondori deganga o'xshash. Onu mümkün deb turamiz endi. Çünkü unda bo'lmay qilishi mumkin. Ya tecrübe orqali mesela fizik ikki xil. Fizikda bir nazariyani o'tirib qo'yamiz mesela ma'lum nimalar orqali. Manda bo'ldi deydigan matematikalik hisoblab chiqarib matematikalik natija chiqadi uning. Yoki biz o'ylab turib bir narsani felsefiy bir o'ylab turib manda bo'lishi mumkin deydiganni faraz qilamiz. Onun tiplamla qalayım qilib faraz qilib qo'ygan olmaydi. Ma'lum bir bilim qurilmasi bo'lgandan keyin shularni yig'inchoqlab turib bir narsani kelib, manda bo'lishi mumkin ekan deb bir xil ilhom keldi sizga. Bir xil ilhomdek bir narsa kelib shuni bir faraz qilamiz. Mana faraz o'zingizning bilimi, uni faraz qilishingizga bir bilimi, asosiy bilimi. Ikkinchidan yuragingizdan kelib chiqayotgan bir ilhom.
Yani özünüzden bir tirişçilik bilen keldi. Yani kelipler men manda qildim deseniz, ilmiy sohada buni vaysi özünün gibi deydi. Onu nim qilmagan. Şunu bunu qanday qilamiz deganda tecrübe orqali isbotlab chiqamiz degan. Hamda X bozlari X deydigan odamni onu necha yil burun 80-yillari o'tirib oldingi asrning X deydigan o'tirib qo'yib bo'lgan. X darajasining taxminan. Bu yil 2013-yili jazmlashdi, shu Nobel mukofotini berdi degan. Şunlaq mümkün deyishimning sababi, şu asıl bo'lishi mumkin, asıl bo'lmasligi mumkin. Lekin shuni target qilamiz, shuni bir nishon qilamizda biz. Asıl bo'ldi deb faraz qildik. Shuning uchun asıl bo'ldi deb faraz qilganligimiz uchun mumkin deymiz. Shunga tajribani ishlayapmiz biz. Demak bu tajribaning natijasi chiqmadi. Hozir yangidan o'tirib qo'yilyapgan. Bu savol bu bek cho'ng deyma, shuni savol demaydi. Kıymetli dostlar, sizlerle buradaki bu her katılımın mezarda faaliyetinde tohum emin iştirler çok var. Sual açık sual var. Biz biliriz Kur'an-ı Kerim'de bazı ilim ve hakikatlerin ipucu verilgen. Hazır bu çoğun tema. Şu bayatın sözü etken nezriyeyle hakikaten Kur'an-ı Kerim'den ipucu verilgen. Kenayot alemni kenayetkiçimiz değil. Şu ipucu verilgen bu. Yani birisi belki bezelerimiz bilişimiz mümkün. Hazır mesela ablez ferişimiz almış yok. Ve Tavrat'ta körüp konuyla varlık neslerini parçalar en azından eşit kaldığını hemen köygen çok ne? En azından madde yoksa fakat tevhimiz eşit kaldıkken çok. Enerjiye eşit. Tevhimiz eşit kaldıkken aşkından madde kalmaydı değil mi? Mesela birisi avaz. Avazın ötesi hem tevhid deyince. Şu tevhidçilerin bu avaz, ne kandak münasebeti var, şu doğrultuda düşüneceğim olsun. İnan Allah'ım kaymak tutuyor. Tevhid bile avazdan. Tevhid bile avazdan ne münasebeti var demek için. Mesela bayatın en az tevhid işi var değil mi? Lekin avazın maiki o tevhid deyince. Şuna olmanca bu avaz, bayatın eşit olan tevhid. Bu ikisinin münasebeti ne? Şunu bir. Bugünçü bir işki qizga qilib baqay. Bugünçü qizga qilib baqay. Endi deginimiz to'g'ri. Hisobda hamini payzabkasi tevrinish ishib qoldi deydi. Hisobda fizikani hamini yig'incha qilsangiz tevrinish. Hammasi tevrinish. Tevrinish deganda tevrinishning mohiyati nima deganda davriy qonuniyatlik degan gap. Qonuniyatlik degan gap. Qarab baqsak, fikr qilsak, nima qilsak, har qanday narsaning bir qonuniyati bor ekan. Qonuniyat degan nima deganda bir ritmlik, sistemlik shaklda aylanishi, taraqqiy qilishi degan gap. Qalaymiqan u ham bu yoqqa degan gap emas. Qonuniyatlik narsa simmetrik va sistemlik go'zal bo'ldi. Shunga atrofimizdagi olam, dunyo shu go'zal. Go'zallikning ma'nosi nima? Simmetriklik, qonuniyatlik degan gap. Endi shu tevrinish dedingiz, tevrinishning asli mohiyati qonuniyatlik holda harakat qilganlikdan, davriy harakat qilganlikdan ning o'zi mas'uliyat tevrinish degan gap. Mesela o'xshash harakatni o'xshash mesela yer shari o'xshash shaklda aylanadi davr 365 kunda bir davr qilib aylanadi o'xshash chambar shaklda. Bu degan amaliyotda bir oscillation nima tevrinish degan gap hisobda. Unda emasmi? Tevrinish degan gap. Siz deganingiz ovoz to'lqiniga kelsak, ovoz to'lqini biz ovoz degan nima degani? Tevrinishdan ovozning nomi tevrinishdan iborat. Deb midal yüzeykeli deb ötep ketken. İsat bu mu to'g'ri? Mesela mayga faqat birini olsam ovoz chiqdi, shunami? Buni ovoz chiqishining ma'nosi nima, mohiyati nima degan vaqtida bu atomlardan tuziladi, biz deb o'tgandek. Atomlar o'zining nimasida o'zaro harakat qilib turdi, tevrinib turdi, to'xtamay. Jim turadigan hech qanday bir modda yo'q. Hammasi tevrinib turdi. Jim to'si o'ldi, yo'q degan gap. Hammasi tevrinib turdi deganingiz to'g'ri. Enadikin bu moddalar atomlar o'zaro bir-birisi qo'l tutishib qoldi, tevrinib turdi. Agar siz mana o'zingiz buning bir energiya berdiğiniz sirtin degan gap. Energiya bergandan keyin bu o'zining qonuniyatlik o'zida bo'lish tegishli energiyadan sirtqi bir energiyaga erishdi o'zi degan gap. O'zidan sirtqi energiyaga erishgandan keyin uni yana tepib chiqarib o'tish kerak. U ichiga sumirolmaydi. Keyin bir tane fonon fotonga o'qish orqali fonon deydigan zarchini. Fonon deydigani haqiqiy bir zarcha emas. Aşında bir nazriyevi bir zarcha bu. Ovoz to'lqinini to'shiydigan deymiz. Bir tane fononni yapgandan etib chiqirdi. Endi bu ovozning mohiyati fononlarningki, zarchlarningki
havo to'lqinlari ma'ni etib chiqarib, havo to'lqinlari orqali, havoni orqali qulog'imizdagi quloq pardamizni titratib, quloq pardamizni nervlarimizga bog'langan. Nervlarimiz shu tevrinishga mos soldi bir xil sezimni mangimizga yetkazganlikni ifodasi hisobda ovozning asli mohiyati shu. Shu munchalik deyiladi ekanmi? Tevrinish degan yolg'iz ovoz uchun yolg'iz ovoz uchun qilingan emas. Hammamiz. Bir maddedan chiqqan bir qonuniyat. Ikkinchi bir insonning burniga kelguncha, uni eshitguncha Puroq ayrim. Elektromagnetlik bir to'lqin chiqadi bu deyman shunda. Puroq ayrim. Masalan, puroq ayrim, ovoz ayrim. Puroq ximiya. Puroq ximiya. Unada puroqda masalan, puroqda qonuniyatlik qilganda nima qiladigan to'lqin shakllik bo'lmaydi. Puroqda uning ximiyalik moddalari chang to'zandek bir xil o'linib chiqqandek chiqib nimqan lekin burun orqali nima qilamiz. Uni yilqanda alayli bir to'lqin shakllik bo'lmaydi puroqniki. Lekin ovozniki to'lqincha qonuniyatlik bo'ladi. Tevrinib uni chastotasi nimasi bo'ladi. Shuni qarab tevrinishni faqat ovozlar uchun yo'q, unda demedim. Tevrinishni oldi deb o'tib ketdi. Birinchi savolni birinchi savolni bir takrorlab bersin. Men mush to'g'riliq mushu masalancha men hozir manda o'ylayman, agar mush olimni tadqiq qilayotgan olimning hammasi musulmon bo'lib ketgan bo'lsa, mush dunyodagi nurg'un proyektlar, cho'ng isrofchiliklar bo'lmagan bo'lsa, isrofchilik deb qaramayman hisobda, unda bo'lmaydi. Masalan, ko'pincha masalan otizm nurg'un olimlar nurg'un tadqiq qilib birga kelgandan keyin to'xtab turmuning qonuniyat mayatkin deb Qur'on Karimga qaytib kelgan olim nurg'un balkim o'qiyotgan bo'lishinglar, bilayotgan bo'lishinglar mumkin. Endi agar ashula olim bo'lib ishongan bo'lsa, chunki Qur'onda hamma yupuchi bizga berilib bo'lgan. Shunami? Turmushdagi ushaq narsalardan tortib cho'ng hammasiga qadar. Agar deb o'ylayman, men shunday o'ylayman. Qur'onda deyilmagan gapni o'sha nazariya olib to'xtab turmay tadqiq qilay deyish isrofchilik bo'ldi. Nurg'un mablag', nurg'un vaqt isrofchilik bo'ldi. Emniyat nurg'un olimlar shuni isrof qilyapti deb qarayman. Shunga tadqiq qiladiganlar mush Qur'onning sirtidan chiqib, masalan, manbani Qur'ondan ilib, masalan men shunda bir o'zimning bir farazlari bor, masalan, zarchilar fizikasi bo'ladi, yuqori energiya fizikasi bo'ladi. Qur'onda deydi-ku, har qanday bir modda jonliqni erkakchi yaratdi. Bir Allohdan boshqa har qanday narsa erkakchi jupti bor, masalan, tek emas. Bir Allah yalğız deymiz, qolganning hammasi yalğız emas, birdan jupti bor degan gap. Esa bu Qur'onda bor. Esa majdidoq zarchilarning erkakchisi bor ekan mana. degan gapda endi hisobda endi shu bir jipuchilari shuning o'xshash Qur'onni tadqiq qilish orqali shu jipuchilarni tepish orqali to'xtab turmam manda bo'ladi ekan asli mushundaroq nim qilay deb Qur'onni sinir qilgan asli tadqiqot yo'linishini nim qilsa menimcha yaxshi bo'ladi deb qarayman. Shu kvantum fizikada nayt modu şunu hakkında bir çiftlik bir izah etsin. Koltuğa gelene verirse bulmaydı. Bazı kısa koltuk ya. Kolunu götürüş şart. Şart. Anadikin de kuant erto. Hazır. Üçten sonra birincisi... Sıra üçten sonra. Kısa sonra birincisi şu kaos diye şu Abdullah King. Yani yeni bir ikinci soru, bak Merluk'un diyen gibini ve tüzük anlayamalı tutmanız mümkün. Sokuşturup yeni zerreciler çıkarılmamalı diyen gibini. Çıkarıvatıdı, çıkamaz. Çıkardık, Higgs bozuları çıktı. Onu burun ilaka, Higgs bozuları burun ilaka nezriye cihetten perez kıygan. Bunda zerrecilerini mesela weak interaction, aciz üzere tesirde mesela fotonla elektromagnet güçlerini üzere taşıydı. Fotonlar, nur elektromagnet güçlerini taşıydı mesela. Şu nimimle W bozunları aciz elektrik güçünü taşıydı. Lakin fotonunki masası yok, masası hiç kanda yok. Bu sapla enerjiye, masası deydiğen neyse yok. Lakin W bozunlarının masası var. O da dep oturup koyup, nim için ana masası oldu, nim için ana masası olmaydı dep oturup koyuşlar kadar elektroweak deydiğen nezriye oturup çıktı. Yani Higgs deydiğen şu elektroweak nezriyesinden faydalanıp, yani şuna dikkat çıkan Higgs bozunu, Higgs nezriyesi deydiğen. Higgs nezriyesi aslında zerçilerin hemmesi, şu zerçilerin masası, şu nime Higgs bozunları teminleydi.
Üçüncü sual, galaksinin rengi burun kömüş renkli, azı kızılmış olmalıdır. Kömüş renkli kızılmış olmalıdır deyin gep emas. Bu nezrivi gep mesela. Bu nezri kızılgımağı deydigan, elektromagnet spektroskopi deydigan. Elektromagnet dolqunlari ikki xil. Bir uchi qizil, bir uchi binafsha ko'k. Shunami? Mesela en uzun dolqu uzunluğu qizil, buni sınırlılığında qizilda, ko'gin olgan nurlardan. Materbi ko'k binafshida sınırlıldı. Onun sırtidagini ko'gin olmaydi, ma'no sırtidagini ko'gin olmaydi. Şu qizilga yetkilish degan gap chastotasining qizil tarafga qarab, chastotasining uzilishi, ma tarafga dolqusining uzilishi degan gap bu. Qizil qizirishi degan gap ma'ni tushundirmaydi. Ya hazır nimaga 10 minut kuantum şu akamızga qisqacha bir 30 sekund. Kuantum deganning asli ma'nosi miqdorcha degan gap, miqdorcha. Miqdor. Hem zarchin dedik-ku, har qanday moddani bo'lsa miqdorlarga bo'lindi deydigan, ha miqdorcha. Kuantum fizikasi deydigan nimani tadqiq qilgan fan deganda, aynan zarchilarni, tadqiq zarchilarniki o'zaro ta'sirlashuv harakatini tadqiq qilgan fan. Buning odatki fizika o'xshamaydigan yeri neda degan vaqtida uni kichik va yuqori tezlikda harakat qilganlik uchun uning qonuniyatlari mayliq Newton fizikasiga tushmaydi. U boshqacha bir olam, boshqacha. Shuni bir kuantum fizikasi deymiz. Doktor Mahmudcan'ın doktorlar. Hazır bir 10 minut demlenişimiz. Derhal namaz okuyorlar, çay içtiler, iş varsa biraz kaldılar, elip gittiler. Ondan keyin ustaz Küsen'inki mesela başlayırız. Rahmet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من سلرغا اسلامنا سلام بوغان سلام بلن başlayman السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aldı bilen muş sorunni hazırlagan Muşu Uyghur Akademistiki mesul qarindoshlarga Allah rahmat qilsin. Bu ilmiy sorun bo'lsa, islom dinidagi eng muqaddas sorun. Bu sorunga har bir qadam sasaq shunga farishtalar hassalab ajr beradi. Islom dinidagi eng ibodat qiladigan o'rin hatto masjidda muqaddas o'rin. Ilm o'rni. Shuning uchun bu yerga kelgan, qatnashgan, sorunni hozirlab bergan qarindoshlarga Allah subhanahu wa ta'ala ko'plab ajr bersin. Endi bu tema masalasiga kelsak, men asli Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning bir hadisini tunishtirmoqchi. Abdulaziz Bashto'rahmandan bir tema, diniy o'quvchilar bir narsa bir asli qo'ysan oldi deganda, bo'ladi degan. O'zlikdan Qur'ondagi mo'jizalar deb ham temani chiqarib, o'zim molladan bo'lgandan keyin buni qildi. Shunga men shuni anglagandan keyin, anandan keyin aldı olan Qur'ondagi ba'zi tilga ilingan ilmiy oyatlarga qisqacha ishorat qilib o'taman. Lekin temamning asosli mazmuni Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning bir hadisini tunishtirish. Qo'limizdagi ishonchlik materiallarda Arab yarim orolida nihoyat cho'ng bir qabila bo'lgan. Bu qabilada nihoyat qad-qomatlik, rostchil, samimiy bir yosh bo'lgan. Endi bu yosh taxminan 40 yoshlarga borgan vaqtida shu o'z mahallasidagi bir egiz taqqa chiqib tafakkur qilishni o'ziga odatlantirgan. Ma'lum bir kunsi milodi 610-yili avgustning 10-kuni dushanba kechida o'zini chaqirayotgan bir ovozni anglagan. Qarasa ajoyib bir giganit bir farishta: "Ey Muhammad, o'qi." Mana mushning bilan tarixda ajoyib shalliq bir sahifa boshlangan. Ya'ni iqra bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq, iqra va robbukal akram, allazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Ya'ni bu Qur'ondagi dastlabda birinchi qatim nozil bo'lgan 5 oyat. Ey Muhammad, o'qi. Ya'ni o'qi degan Qur'onda birinchi qatim tushgan oyat. Qur'oni Karim bo'lsa 114 sura, 6200
236 oyat, 77.439 so'z, 320.015 harfdan tarkib topadi qarindoshlar. Mana bu Qur'oni Karimni Rasul akram sallallohu alayhi vasallam 23 yil jarayonida bizga yetkazgan. Qur'oni Karimda masalan qonun to'g'riliq 500 oyat bor. O'tgan, ya'ni tarix to'g'riliq 1000 oyat bor. Masalan duo, tilak 100 oyat. Shu oyatlarning qatorida taxminan 1200 oyat tabiat, koinot to'g'riliq so'zlaydi. Abiyama ba'zi qarindoshlarimiz degandek, Qur'oni Karimda mushu ba'zi tabiiy fanga doir 1200 oyatda tilga ilingan. Endi bu Qur'oni Karim asli bir tabiiy fan kitob emas bu. Nima uchun koinot to'g'riliq, tabiiy fan to'g'riliq so'zlaydi desa, mening o'zimning shaxsiy tushunchasi. Bu asosiyatan ikki markaziy ideyani vujudga chiqarish uchun Alloh tabiiy fan to'g'riliq so'zlagan. Birinchisi, Qur'oni Karim taxminan 2378 oyat oxirat to'g'riliq so'zlaydi. Ammo oxirat degan bizga nisbatan bir g'aybiy masala. Buni sizga tutib ko'rsatib olmaydi, buni sizga purat qilolmaydi, sizni salat qilolmaydi, qanday qilish kerak buni isbotlash uchun. Buni isbotlash uchun Qur'oni Karim biz tadqiq qilsak, izdansak, bilalaydigan hissiy faktlar bilan shu oxiratni bizga isbotmoqchi bo'lgan. Buning misoli. Masalan, sura Hajda ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin minal ba'th inna xalaqnakum min nutfatin deb boshlaydi. Nima degan gap? Ey insoniyat, sizlar o'lib qaytirishdan gumonlansanglar, sizlar qaramamsizlar, biz sizlarni spermadan yaratdik deb, min nutfatin, summa min mudghatin, summa min alaqatin deb, turalmishlik toir, turalmaning onaning qo'shib turalmaning asosliq bosqichlarini bir-birlab bayon qildi. Deb bo'lib, onun lekin asosliq masala yana tirilish to'g'riliq gap qildi. Masalan, hammamiz biladigan Naba surasi. Naba surasi ya'ni Naba degan qiyomat to'g'riliq xabar degan gap. Shu nima deydi desanglar, amma yatasaalun. Sizlar qiyomat to'g'riliq so'zlayapsizlar deb bo'liblam. Sizlarga biz zaminni onda qilib hamdikmi, yer sharini onda qilib hamdikmi, osmonni onda qilib hamdikmi deb keyin nima deydi? Inna yawmal fasli kana miqata. Bu qiyomat degan vaqti aniq bitilgan haqiqat deb asla dastlab degan gapni demay turib, sizlar bu shunday shakllanamsizlar. Unda o'z qarab baxmamizlar, osmon, zamin, quyosh, yer shar deb bir tushib kelsa, shu jarayonda tilg'ilingan oyatlar, bu ilm fanga doir oyat bo'lib, Qur'oni Karim shu jarayonda masalan turatmaning bosqichlarini inchik tasvirlaydi. Uzun tarixdagi olamning yorilishini tasvirlaydi. Tarixiy voqelik. Masalan, tarix degan biz 4000 yildan burungi tarixni bilmaymiz. Chunki yaman bizlar yeziqchilik kashf bo'lgan 4000 yil bo'ldi. Uni oldin bo'ldi, hech kim bilmaydi. Qur'oni Karim uni oldiki tarixini deydi. Demak, endi o'sha Qur'oni Karimda mushundaq ba'zi voqealar ekan. Shuni qatorida mana masalan Qur'oni Karimdagi ilmiy, tarixiy, qonuniy, ijtimoiy mavzular tilg'ilgan deb birinchi rasm mana turalmishlaslikqa doir Qur'oni Karimda turalmishlaslikqa doir 25 oyat bor. Bu ta turalmaning onamizning qo'sig'idagi dastlabki minutlardan tortib ta tug'ilg'uch bo'lgan jarayonni ilmiy usulda bayon qilib bergan. Hatta mushu turalmaning bosqichlariga ilmiy atalg'ularni bergan. Masalan, men mushu o'zim bir Uyg'urcha yaxshi bilmaganlikdan mushu turalmishlik ilmini men mush gaplarni hamda biz nima o'qigan, arabcha o'qigan. Buni Uyg'urcha nima deydiganda deb men shu kitobxonasiga kirib kitoblarni qizivatdim. Ba'zi kitoblarda shu 15 kunlik turalma, 1 oylik turalma, 2 haftalik turalma deb hafta bo'yicha menda oladi ekan. Ammo Qur'oni Karim rasmiy ism berganda bunga. Endi bu sil bilislar terminologiya ilmida, ya'ni atalg'ushunoslik ilmida bir ot qo'yish, ya'ni ilmiy bir ism qo'yish uchun 3 shart bilish kerak. Shuning bir sharti shu qo'ygan ism, shu atalgan narsani bir ifodalab berish kerak-da bundan. Ham shuning uchun birinchisi mana Qur'oni Karimda 25 oyatda turalm to'g'riliq so'zlagan. Endi bu jarayonda masalan bu turalm to'g'riliq Qur'oni Karim nozil bo'lgan vaqtda 7-asr. İnsanlar 200 yil burun nima deydi bilamsizlar? Dunyodagi ilm fanlar nima deydi desanglar?
Mava erning spermisi. Bala ma ko'dingmi? Mushtaq to'liq holati bo'ladi. Ya'ni mukammal holatda erning spermisi bo'ladi. Bu onaninki tuxum bilan uchrashgan chaqda uxlagan odamda bitib o'g'itib qo'ygandeklar, o'g'inib, cho'ngib bola bo'ldi. Ya'ni bal mukammal holatda shunday bo'ldi deb tasavvur qilgan. Hem bir mazhabdagilar, hem bir fiqdi. Yo'q, unda emas. Ma onaning tuxumi. Ma balni ko'rdingmi? Ya bu onaning tuxumida uxlaydi bu bola. Spermi kelib qopagoy deganda kelib qopab cho'ng'ilib, shunda tug'ildi deb 200 yil burun turalimish tarixini o'qisak shu bo'ladi. Nima uchun degan joyda to'xiniki tuxumi qarsa chujashda ayna bu aymoshda qilindi va chujisini vatqda beyimda chujisi shu deb. Ammo Qur'oni Karim 1400 yil burun ya'ni. Qur'oni Karim 7-asrda nozil bo'lgan, ma deyilgan gap 17-18-asrda gaplardi. Endi men dedim 25 oyat bor. Ma kitobning ismi ma inglizcha bilamaydigan o'qinglar, The Developing Human. Mao with Islamic Edition. Buni yozuvchisi Keith Elmore. Bu adam shu. To'g'ri kirib, ism bo'yicha avtosan chiqadi. Bu adam yangi zamon turalmshunosdan otsi deb Kanada universitetidagi shu turalmshunoslik sohasida ash kitobi xalqarodagi har qanday turalmshunoslik maktablari o'qitildi. Ham xat xanzorchiligini tarjima qilingan bu dangli kitob ekan. Bu adam 90-yillarda Saudiya Arabistonda bir ishxona bor. Dunyo islom tashkilotining bir ishxonasi. Qur'on hadisdagi tabiiy fanga doir oyatlarni tadqiq qildi ishxona. Bu ishxonaga shundan bular qanday qildi bo'lsa, yilda 3 yilda yoki 2 yilda bir qatim ilmiy muhokim yig'ini o'rnashtirdi. Shunga o'xshash. Oldingi hisobda bir taxminan 200 molla o'ltirdi, 200 ilm fan olimlar o'ltirdi. Shundoq tadqiqot natijalari sunildi. Bu adam shu yig'ida musulmon bo'lgan. Mana turalmshunoslik oyatini ko'riblam, mana shu gipi Mash adamning gapini men naqlab aldirablam tarjima qilib qo'ydim. Men inglizcha to'g'ri yoqishmayman. Qur'oni Karimdagi turalimining inchki bosqichi 7-asrdagi ilm faniga tayinib bayon qilish asla mumkin emas. Bu chuqum ilohiy so'zlab u yig'inda musulmon bo'lsa, ayoli Saudiyadan yotoqda yetib Qur'onning inglizini o'qib, telefon qilib chiqmaya kelmaydi, ajoyib bir narsa ekan. Bu bizning kishining kasbingdor ajoyib oyatlar ekan deb ayoli ikkisi musulmon bo'lgan. Resmiy ashadamning shu musulmon bo'lib, o'zining nima uchun musulmon bo'lganini so'zlab o'tgan YouTube'dan nimadan videodan oldim arasini. Bu odamningki kitobi. Ma kitob hozir 10-qatimlik besilish chiqdi. Ma 3-qatimlik besilishi. Ana bu adam musulmon bo'lgan ekan, bizning ustozimiz Abdulmajid Zindani bir sanamiz eski to'g'riliq bayon qilib o'tdi. Bu ustozimiz bu kitobni ko'rgandan keyin hayron qolib, bu sening ma kitobing. Bu asli bu musulmon bo'lmas chaqda mash turalmishnoslik dairi yozgan kitob. Bu hayron qilib, ma kitobing asli Qur'ondagi oyatning tafsiri ekan, yoki bo'lsa nima deysa, bu qanday tafsir bo'ldi degan. Sen ruxsat qilib qilsang, men mosh kitobdagi bir harfni o'zgartmayman. Faqat shuning dair oyat hadisni ham qo'yib qo'yma, shu chaqda tafsir bo'ldi degan. Bu men mumkin emas. U qanda mumkin bo'ldi degan, mumkin men qilib qo'ymayman degan. Ma'qulda biz ustoz hech nima qilmay buningga. Bu odamning zoti hech qanday o'zgartmay, masalan, turalmishaq so'zgan keyin birinchi bosqich isprimiga isprimiga dair ashnuqlar oyat hadislarni hammasini yozib ikkinchi bosqich turalmining masalan zigota deymizmi bir bosqichlar bor-ku. Shuningga doir hadislar hammasini akilib ko'rsatgan keyin bu odam taxim e'lon qilib shundan bundan keyin mening kitobim chuqurmosh oyat hadislar besilmaydi deb hozir 9-qatimliq besildi. To'g'ri bersanglar bor. Bu kitobning teshi shuning with Islamic Edition. Endi mushundoq Keith Elmore'dek dangliq olimlarningki bu turalmishsiz. Hozir bu odam Saudiya Arabistonga qarab bir necha qatim dars so'zladi. Ma adam turalmishnoslik oyatini tafsir qilgancha Saudiyaning o'limalari qo'pib ketdi ekan. Bizning ustozimiz deb degan gapi. Bu amerikalik nipit hadis ma'qul deb uyimizni asli nipit tapasi ma'qul dedik. Mashina tapasi ma'qul deb mendoq oyatni mobil tafsir qilib beramiz bizga. Chunki buning kasbi bo'lgandan keyin bu oyatni bu tafsir qilsa u boshqacha gapkanda u. Shuning uchun bu to'g'riliq bu odamning Qur'oni Karimdagi atalishunaslik ilmi degan bir kitob bor. Bu odam musulmon bo'lgan, bu to'g'riliq mening asosli temam bu bo'lgan ekan. Men shunga atlamoqchi buningdan. Demak, Qur'oni Karimda 1200 oyat mash ilm fanga doir ba'zi ishoratlar qilib o'tgan. Masalan, shu qatadan "Was-samaa banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un."
Biz osmonni o'z qo'limiz bilan yaratdik va jazman biz shu osmonni izchil kengaytirib turamiz. Endi bu yerda qaranglar, bu men o'zimningki arab grammatikasi bo'yicha tushuntirma. Musiun degan oyat arabchada buni ism fa'il deymiz. Uyg'urchada nima deydi? Hamda buni tazbil etmayman. Bu fil üst zamanı bildirdi. Masalan, bir ishninki buruntumu buvatqanligini, hozirm buvatqanligini, kimi bildiganligini bildirdi. Yana davomli mana shu izchil degan gapni deb qo'shib qo'ydim. Aslida boshqa tarjimalarda yo'q bu. Nima chiqsa asli grammatikada bizga ashta o'rgatadi. Bu degan masalan, men ketyapman degan gap, burunmo ketyaptim, hozirmo ketyapman, yana ketishim davomlashadi deganni bildirish uchun arab tilida mana shu ism fa'il ishlatadi. Shuning biz osmonni o'z qo'limiz bilan yaratdik va jazman biz izchil kengaytirib turamiz. Buni sizlar bir oliy maktab o'quvchilari tushuntirib ketmaydi, bu yaqin topilgan haqiqat. Mesela meracel bahreyni yaltaqiyan beynehuma barzakhun la yabghiyan. Allah ikki dengizni bir-biriga uchrashtirib aralashtirdi. U ikki dengizning orasida tusoq bo'lib bir-biriga tajovuz qilmaydi. Mana shu lug'at ma'nosini tarjima qildim buni. Xo'sh. Ana bu tafsirshunoslar oyatni tafsir qilgan. Ikki dengizning o'rtasida tusoq va shunami? Aralashtirdi degan gap chiqdi hozir. Men gap zid hozir. Men tarjima qilsa qarang qarindoshlar. Allah ikki dengizni bir-biriga uchrashtirib aralashtirdi. U ikki dengizning orasida tusoq bo'lib bir-biriga tafsir qilganlar bu qanday gap bo'ldi? Bu uchrashtirsak o'tir tusoq o'z qanday uchrashidi desa, Abdulaziz Sultonovga aytgan tafsir shu. Alloh o'zi bilgan bu tusoq buni biz deblam Alloh o'zi bil deblam tashib aytgan. Nurg'un olimlar yo'q. Bunga boshqacharoq bir ma'no izlab baqilay deb aytganda lug'at ma'nosini burmilashga boshlagan. Shu qatordan bizning Uyg'ur tarjima. Masalan, Muhammad Sadamlajim o'zining lug'atida, maraja degan gapni aralashmoq deb tarjima qilgan. Chunki Qur'oni Karimda bir oyat ochib, "Va hum fi amrin marij", ular qalaymaqon aralashib ketgan holatdadir deb boshqa yerga kelganda o'zimiz tarjima qilib, miya kelgan chaqda dimsi bu o'ttir tusoq o'z qanday aralashidi bu, shuning uchun boshqa ma'no izlaymiz deb ma'noni o'zgartirgan. Asl lug'at ma'nosi arabchada shu payg'ambardan kayfa bikum iza marijaddin deydi. Ey siz din qalaymaqon aralashib ketsa qanday qilasizlar? U arab u ishiltish aniq bu so'zningki. Buni misal bilisizlar, buni hozir ilm fan isbotlanib, rasm sunami ta'mini bu nima deb tajovuz qilmaydi degan gap. Bir dengizdan so'ng bir dengiz qo'shilmoqchi bo'lsa, shu yerda bir uchinchi bir front desak bo'larmiki deyman, chunki bu Uyg'ur tilida bu atalg'i yo'q ekan, chunki bu bir yangi gapmi? Men lug'atni aqtirib baxtim, arabchada buni tusoq deydi. Masalan, front degan gapning Uyg'urcha ikki lug'at ma'nosi bor ekan. Biri issiq balbog' bilan sovuq balog'ning o'rtasida hosil bo'lgan balbog'ni front deydi ekan, birisi oldingi qismini front deydi ekan. Lekin izlanish jarayonida ana bu yerdagi tusoqdan shu front deb bularmi deb turmiz. Hammamiz shu lug'at qiynalganlar bizga o'xshash. Buni menda kim bilib olsak bo'ldi. Bu tafsili bu nurg'un ishlar bordi. Bu 1860-yili Angliya Xon jamiyat ilmiy tadqiqot jamiyati dunyoga 300 tadqiqot punkti qurib 50,000 betlik material to'plab aran topgan ish Qur'oni Karimda deyilgan bilan. Andiki Mao dengiz, texima daryo bilan dengiz o'rtasida delta bor. U delta to'g'riliq oyatda uning ta'sirlashi bak inchga. Andigan Qur'oni Karimda masalan tog' to'g'riliq val jibala awtada biz tog'ni oyatda sizlarga tog'ni qo'ziq qilib bermadikmi deydi. Hamda hozir Uyg'ur izohliqda qaranglar tog'ni nima deb sifatlaydi ekan. Ben dönglikten kötülüp kalan yer yüzden üstü görülgen dönglik. Yani aslında hiç kandadan bilmeydi. Yine bir ayette Kur'an-ı Kerim tekim inçik ayet var. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ de. Yerinin silahından tevrep ketmeslik için ravasi diyen gapning lug'at ma'nosini izlasam qarindoshlar anglab turanglar. Elik paraxutni suvda to'xtatmoqchi bo'lsak, ilik mundoq bir tumini yerga tashlaydi. Uyg'urchada buni langar. Langar deydi, arabchada mirsat deydi qashni. Yani şu yerda agar rasmiy Qur'on ilk tarjima qilamasa, langar isman tog'larni qilib berdik. Nima uchun langar? Chunki uning vazifasi langarlik rol o'ynaydi. Avul paraxutning shamolda aylanmay qochib ketmaslik rol o'ynaydi bu langar. Tağını Allah'ın deydi. Hadis Resulullah'da tekim izahlat bergen. Peygamber deydi. Lemma halaqallahul arda ceale temid deydi. Allah yer şarını yarattığında yer şarının yüzü tevreşki başında deydi. Yani demek yer şarı biz okuyumuz hem biz derslep başlışlarda yer şarının yüzü magmati. Magmati yani şu tevrinip aran turda ketişmeyen toprak yok. Resulullah deydi. Allah yer şarını yaratıptı. Ceale temid deydi. Temid diyen gap paraxut suda turup mıdaqani Arapça temid deydi şu. Tevreş. Yer şartı
Fahalaqallahul jibal. Allah tağni yarattı. Tağni deydi. Fahalaqallahul jibal fa'ada biha alayha deydi. Tağni chiqqan o'rniga qaytirib akeldi degan gap. Ma gapni tushunaman. Ajoyib ilmiy gap. Tağni chiqqan o'rnidan ustiga qaytirib tağ nereden chiqdi? Ajoyib ilmiy sifatlash. Tağni chiqqan o'rniga qaytirib akeldi. Da Peygamber Aleyhisselam müşahidimi tağı tavrab ketgan qanday qildi? Tağni keldi, yajim tudi. Endi hammamiz bilamiz, yerninki posti qilin yeri 70 kilometrdan 80 kilometrgacha, yer postining nipiziri 35 kilometr atrofida. Endi Arximedning laylash qonuniga asoslangan vaqtida, Arximedning laylash qonuniga asoslangan chaqda, agar tog'ninki yer yuzidan egizligi 10 metr bo'lsa, cho'qim 7 metr ostida bo'ladi. Usti 10 metr bo'lsa, ostida 70% ostida bo'ladi. Ya'ni 10 metrlik tog'ninki 3 metr ustida bo'ldi, 7 metr yana ostida bo'ladi. Hozir aniq har qanday bir tog'ninki yiltizni aniqlab chiqildi hozir ilm fan bo'yicha nimqa vaqtida. Demak, quzuq deb Qur'oni Karimda quzuq sizning tayrinib ketmasligi uchun. Ana ma ham bir oyat bo'lsa, Rum surasi Alif Lam Mim Ghulibatur Rum. Bu oyatda mu ajoyib jih bir ilmga doir bir narsa tilga ilingan. Men bir oyatni olib keldim. Rumliklar zaminning eng o'yman rayonida mag'lub bo'ldi. Rumliklar zaminning eng o'yman rayonida 619-yili 619-yili o'zingizlar dunyodagi eng cho'ng ikki imperatorlik, birisi Faris imperatorligi, birisi G'arbdagi Rum imperatorligi. Faris imperatorligi hozir nimaninki Rum imperatorligining o'sha Iordaniya atrofida, Falastin bilan Iordaniya atrofida nihoyatda cho'ng bir urush bo'lgan. Tarix hammamiz bilamiz. Buni kino ishlab bo'ldi. Ammo Qur'oni Karim shundan bu Farislar Rumliklarning ustidan g'alaba qildi. G'alaba qilgan Makka mushriklari qaydaroq andaq Farislar qanday qildi? Senda go'ylani bizni shunda joylaymiz dedi. Chunki Farislar butparast. Rumliklar samaviy din ishinde. Biz Iroqlar istashalo, boshqalar Amerikalar esa Iroq tutib qolsa o'ylab qanday shu vaqtda Aşo musulmonlarni qishqa kafirlashtirib keldi. Qayda ol? Sizni qanday joylaganmiz sizlar joylaymiz. Dunyoning siyosati bizning foydamizga deb qarab ketib bordi degan sahobalar haqiqatan g'am qildi. G'am qilib Rasulullohning qishqa keldi. Ya Rasululloh dunyoning ishları mushunda bo'lib ketib bordi degandan keyin Rasulullohga bu oyat nozil bo'ldi. Bu oyat nima deydi? Rumliklar zaminning eng o'yman rayonida mag'lub bo'ldi. Ular 3 yildan jiq 7 yilning 3 yilning nerisida. Chunki arabchada bid'a deydi shu. Men arabcha o'qib qolsam bid'a deydi. Ya'ni ba bot ayn. Bu bid'a degan gapning arab tilidagi lug'atman qomusga qarasam ma'nosini desam, arabchada 3 dan jiq 9 dan oz narsani bid'a deydi ekan. Bizda 10 necha degandek-ku. Tushunammi? Ammo Qur'oni Karimda va hum min ba'di g'alabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Ular 3 yilning nerisida yani 7 yil manda tarjima 7 yil ichida ular cho'qim bir qatim cho'qim g'alaba qildi ular deyapti. Degandek endi hozir o'zingizlar masalan Sunamir orqali yarashadigan o'rmon rayoni turpan o'ymonlik emas, Uylik dengizdan atrof bo'lib chiqdi, dal urush bo'lgan. Degandek shu oyat tushdi. Umay ibn Xalab degan munofiq Abu Bakrni qashqa kelib Abu Bakr dedi. Ha degandan keyin sen Muhammadni degan gap ras ishnamsa debdi, ishnima debdi. Muhammadga mashta so'rchdi, tikamsa dedi. Nima tikma debdi? Men oyatni ul tushunda 10 to'g'ridan tikishimda o'qibdi. Tikishdi qildi Abu Bakr. Deb bo'lib u insonda Rasululloh qashqa yugurib bordan shunda ish bo'ldi degan keyin Rasululloh 100 to'g'ri tikadi dedi. Chunki endi u chaqda tikish ma'ni hozir qilmoqli bo'lishni. Chunki keyin shariat shu tikishni harom qilgan shariatda. Tikka debdir Abu Bakr bilan yuzga tikishimizmi debdi. Voy, og'avala tikdimlab tikdi. Endi shu jarayonda islom dinidagi Badr urushi bo'lib qoldi qarindoshlar. Badr urushi bo'lgan chaqda kafir Abu Bakrning yoqasiga sildi. Urush chiqib o'lsang to'g'ini kim burdi debdi. O'g'li Abdurahmondan kelib, "Men Abdurahmon mushma o'lsam musha burdi." Shona ikkinchi qatliq urush chiqqan vaqtda Abdurahmon kafir tutdi. Endi sen o'lsang kim burdi deb o'g'lini chiqardi. Demak, andan keyin dal 7 yildan keyin Rumliklar Farislar ustidan g'alaba qildi. Ana bu yerlikning asos degan gapim shu fi adnal ard. Shu adna degan gap ya'ni eng past, shu arabchada
deni deydi degan o pastkash degan gap. Deni rajul masalan anta rajulun deni deydi. Nima degan pastkash odamsan deb. Bu coğrafya to'g'riliq. Endi bu har birisi hamda buni izlanib, buning tarixi, Qur'oni Karim, bu tafsirshunoslarning deb tafsir qilgan. Bu bek jarayonjaq. Men Abdulaziz Qur'ondagi mo'jizalar deganlikni chiqargan gap, men asli bir hadisni tanishtirmoqchi. Shuni azroq sabr qilinglar. Xo'sh. Asosli tema hamda miladi Hijriyaning 4-yili. Miladining 625'lerge to'g'ri kelarmiki? Shu yillarda o'zinglar bilasizlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka mushriklar bilan 10 yillik siyosiy tinchlik to'xtam tuzdi. Bu jarayonda bu payg'ambar o'g'illikdan hozir biz o'ylasak, xuddi men Abdulaziz Quflam Kilontonga yoki bo'sh xat yozganda haligi gap. Musulmon bo'ljima bo'lmasa elbika degandeklar. Rasululloh ishta qildi ras. İşki qor, xatni o'qisanglar hayron qalsizlar. Biz o'xshash shunda qapishib o'ltirmay, ishki qorlam. Allohning payg'ambar Muhammaddan Parisning imperatori paloniga. Allohning salomi sang bo'lsin. Musulmon bo'l, salomat bo'lsin. Ish qiladi. Ya'ni musulmon bo'l, salomat bo'lsa. Bu xatlar dunyodagi har imperator har xil muomala bilan Parisning qildi desam da ko'riblam. Bakacha ketdi buning. Shu chaqda arablar shu Paris imperatorning hozir o'xshash akamda yashaydigan vaqti shu. Voy deganki, mush bir qo'l men shunda xat jur'at qilmadi. Darhol elchining kallasini oldi. Shuning bilan shu chaqda hamda Yaman shu chaqda Parislarning qo'liga o'tib ketgan. Asli Yaman o'zinglar bo'lsan, mushu milodiy 530-yillari Yamanni Habashistonliklar besib olgan. Besib olib, shiddat bilan zo'rliq, zumbulq bilan Xristian dinini tanib, hatto Yamanga Ka'ba solamiz deb, Ka'bani silib, Saudiya Arabistonda Ka'bani buzaman deb kelgan vaqtida Alloh tomonidan halok qilinib, o'lib, Yamandagi huquq ishga o'g'li qilib qolgan. Bu ikki toz dadisi emas chiqib qolganda shuning bilan bu Yamanliklar hozirgi Paris imperatorligiga berib hozir dunyoning ishlari o'xshash. Bismillahga ko'rib hojam bir dadim bor degan o'xshash. Paris imperatorligi deb turgan ekan bo'ldi, men epray deb Paris imperatori Habasistonlikni qo'g'lab chiqarib Bazan degan bir valini Yamanga qo'yib ketgan. Shundan bu Paris imperatori shundan Bazanga buyruq tushirib, Arabning bir guyman xat yozibdi. Darhol tutib bog'lab men avat degan ekan. Bazan Xeresova yin bir ismini unutib qoldim. Ikki saqchini avatgan beri tutib bog'lab Parisga olib borganlar. Shu bu ikkisi kelib kelgandan keyin Makka mushriklar degan xo'sh yo'q, bugun endi qutlibmiz. Bizning kuchimiz yetmay turgan o Paris imperatorligi bunda degan bo'lsa tugab deb mehmon qilib, yo'l ko'rsatib, yo'l boshlab Rasulullohni g'ishqabirib qo'ygan. Shu Rasul akram sallallohu alayhi vasallam kelgandan keyin bunda gapdan keyin men bir kun muhlat beringlar degan. Endi u chaqda hech kim g'in qilmaydi, o Beijingdan chaqirtgandan keyin Şuna Rasul akram sallallohu alayhi vasallam g'in qilmay, men bir kun muhlat beringlar degandan keyin ma'qul deb, shundan bir kun atimangimiz juma, ba ishni sen bilsa ish chataq degan bo'ladi. At chiqib kechidan mening Robbim sening imperatoring jinni oldi degan keyin hey magapning siyosiyligi bak kuchli diqqat qil, meni kalla ketadi degan keyin xotirjam biringlar kechidan mening Parvardigorim sening jinni oldi degan keyin magap ig bo'lamsa ig bo'lma, ma'qul deb ikkisi ketgan. Şuna bu saqchilar ketib Bazanga deydi. Mushunda gap degan keyin uni oldida u din to'g'riliq xabarlar bor edi, chunki Rasulullohning Madinaga kelib qolgan vaqti. Bu deydi ishbak oddiy bo'ldi degan keyin nima bo'ldi desa, shu chaqda Paris imperatorligidan Yamanga pochta kelish uchun bir oyla vaqt ketganda, bir oyla saqlasak, agar ras bo'lsa cho'qim payg'ambar. Chunki u g'aybni u payg'ambardan boshqadan bilmaydi. Yog'on bo'lib qolsa shu chaqda buni bog'lab akasakmi? Qo'limizdan keldi degan keyin bu xabarlar taqilib bir oydan keyin degandek shu kechasi podshoning o'g'li dadasini o'ltirib bundakin akam podsho deb men bayat qilsa deb xat yozgan. Shundan Yaman men mushunda musulmon bo'lgan. Yamanning musulmon bo'lish tarixi. Xo'sh, endi gapning poskalasiga kelsak, Yamanliklar musulmon bo'lib bir ummatni Rasulullohning oldiga avatgan. Avatgan keyin Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ularga islom o'rgatish uchun Yamanning har qaysi rayonlariga 11 ustozlarni, ya'ni muallimlarni o'qituvchi 11 odamni berib din o'rgatinglar deb shuni qatorida Ali radhiyallohu anhu, Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu va shu qatorda
Wabra ibn Yuhannas al-Khazai degan bir odam bor. Shuningga Rasul payg'ambar alayhisalom shu evatib san hadisning arabcha tubidagi ostidagi Abdurrazzaq degan hadisshunos olim shunda deydi. Payg'ambar alayhisalom Wabra ibn Yuhannas al-Khuzaini Yamanga vali qilib o'tganda uning mundaq dedi. Sen ularni iymonga chaqirgin. Ya'ni la ilaha illalloh deyishga, ya'ni aqidaga chaqirgin. Ular sening chaqirig'ini itoat qilsa, darhol namoz boshla. Islom dini shuni la ilaha illalloh degan darhol namoz. Ular namoz o'qisa, ba'zanning, ya'ni gapni boshqalik ba'zan shu valisi. Ba'zanning beg'idagi G'amdan, hozirm bor Yamanda. Bu G'amdan cho'ng bir saroy, xalq saroyi. G'amdan saroyining huvlidagi qo'ram tashdan, ya'ni Rasululloh masjidning o'rnini bekitib boradi. Rasululloh Yamanga bormagan, ishda davatida. Sen Yamanga borsang, ba'zanning bir beg'i bor, bog'da yo'g'on bir qo'ram tash bor. Endi bog'ning temig'icha deganda men qizlik qo'ydim. Nima uchun degan chaqda bu hadisda ham bir xil rivoyat qilingan sistemasi bor hadisning uchun. Maydisda tamning gapi yo'q, ham bir hadisda tamning gapi bor. Ba'zanning qo'ram tashdan bog'ning temig'icha masjidning o'rni ma'vo, ya'ni masofasi. Zin deb atilgan taq qartib bir masjid bino qildi. Hozirim bor. Yaman bu masjid hozir Yamanning Sana degan poytaxtida. Ma zin deb bir taqvadik taxminan masjidlar tag'ini o'tirsa 30 kilometr. Sen shu taq qartib bir masjid bino qilishga buyurgan deb Rasul akram sallallohu alayhi vasallam birinchisi bu tag'ninki masjidning o'rnini qo'ram tashdan tortib bog'ninki temig'ichilik. Hozirgacha Yamanda shu saqlandi. Lekin masjid kengayib ketdi. Masjid hozir kengayib cho'ng masjid bo'ldi. Lekin asli masjidning Yamanliklar hozirgacha sanab qolgan. Men sizlarga hozir ko'z. Adam, ma 4-rasm. Alqi Rasululloh degan qo'ram tashlash shu. Mao masjidning mihrobi, Mao Rasululloh degan zintig'i shu. Mao Sana jamoasiniki Sunyamradagi rasmdan ko'rinish. Endi men bir film bor, ular qo'yasizlar. Buni hamda demak Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam aniga ham bir hadisni men yozmabdiman, lekin men deb beray. Ham bir hadisda payg'ambar alayhisalom manda degan. Sen masjidni zintig'ining o'ng tarafiga sol degan. O'ng tarafiga sol degan. Biri qo'ram tashdan baqqichilik masjidning o'rni bekitilgan. Ondan keyin sen masjidni az qiblasi chuqum zintig'i bo'ladi, lekin masjidni zintig'ininki o'ng tarafiga olgan bir hadis bor. Men yozdim o'qimayman. Endi bundan ma jo'g'rafiya o'qiganlar bu Rasulullohninki hamda qilbini bekitibadi. Ondan keyin masjid nima uchun o'ng tarafiga soldi deb. Masjidning o'ng tarafiga sol deb turib, ya'ni jo'grafiyada o'zinglar bilsizlar, merdon siziq bilan parallel siziqdan o'ng tarafini qilib bunda qanday ekan bir bulung chiqdi. Mash bulungning ma'nosini bilib olmay uzoq qoldi yurimiz. Hamda yanto bulungdamdo, qisish bulungdamdo, nim bulung deydi hozircha o'qimadim. Ish qilib uni tushunolg'u deyman. Parallelniki. Masalan, men o'zimning qalisi bilish uchun men jo'g'rafiya maktabida o'qimagan. Men o'zim Urumchida bir masjid samoqchi bo'lib biz. Men deb bersam balkim tushunishingizga oson bo'ldi. O'sha bir maxsus bir odamni, kasbiy odam chaqirib keldik. O'zi hech qanday dinga aloqasi yo'q bir odam chaqirib keldik. Siz bizga shu masjidning qiblasini to'g'rilab bersangiz deb. Chunki masjidning qiblasi to'g'riliq jamoat ichida ixtilof bo'lgan. Saq bu odam shu qibla tarafini qarasa shu taq qarab Urumchining shimolga qarab yuradi, bidamayni qaraydi. Men dedim-da bu odam musulmon qilini o'qimaydigan odam kelib, "Aka, men qilim matirib kerak to'g'ri ko'rsam." Shu odam kulib ketib, "Ukam, biz oldindan qilvin tepish uchun shimol bilan janubni bekib o'tishimiz kerak." Bu bir qayga bo'lsa men uning tafsilotini o'qimayman, lekin aşağıda mana dedi. Chuqum shimol bilan janubni bekib olib, andaga shunda gradus shunda to'lg'ab 15 gradus bo'lsa, qiliq udul chiqadi deb. Ana ma hadisda shunda dedi, "Ma masjidni sal o tag'ning o'ng tarafiga elib, bir siziq tatib, qiliq taraf shunda bir siziq tatsak, aşağı bir buyjak chiqdi deyman." Bu menchalik jo'grafiyalik o'rnini bekitish uchun bek muhim masala qildi. Ma Xudolar bo'lsanglar. Demak, payg'ambar alayhisalom masjidni tag'ning o'ng tarafiga qilib sol deganlikdan yonto bo'luni deb bergan. Endi filmni qo'ysizlar. Men hozir sizlarga hozirgi Yaman Jumhuriyati San'aning poytaxtini Sunyamara bilan Google bilan bilasizlar. Google bilan tatib biz sizlarga masjidni ko'rsatamiz.
Mana bu hazır sizlar Rasululloh saldigan masjid mana shu. Mana Jami' Kabir San'a degan gap, Jami'dagi San'aning cho'ng jamasi degan gap, ma jami'ning ho'ylisi, ma vayliq tosh shu, payg'ambar sollallohu degan qoram tosh shu. Sahratul mulamlama deb ataydi. Ma masjidningki sirti, hamda mavu masjidningki ishigi, ma vayliq masmura deyalik turuk shu, masjidning o'z vaqtidagi fasli mana. Masmura degan ma shu, shu ham sharqi turuk emas shu. Rasululloh ko'rsatgan turugimiz shu. Ma ishtirak ma'g'uslamanda mana. Ya bo'ldi. İçtima olsa Mao menqura Mao g'arbiy turugi. Ya'ni birisi bag'ning temiq o'z vaqtida bag'ning temiq vakillik qildi, birisi tashqi vakillik qildi. Mao masjidning mihrabi. Masjidning mihribining sirtqi ko'rinishi Mao. Mao masjidning ho'ylisi, Mao masjidning ustidan ko'rinishi, mana bu sunniy amrat alqaqlar rasm. Endi hozir sizlarga asosli ko'rsatgan narsa endi chiqadi. Buni hatto buni Google'ni yaxshi bildigan odam bo'lsa, ma tajribani o'zi ishlab qila oladi, ma tajribani. Biz o'zimiz mana shu Sheikh Zindani bilan o'sha maktabda birga ishlagan tajriba bor. Mao Rasululloh degan zintiq shu qarindoshlar. San'adan 30 kilometr jiroqda payg'ambar alayhisalom masjidning qiblasini mush taqqartsa degan. Bu tog'ning hozir men bilmayman, bu tog'da bir yerda bu tog'ning ustiga televiziya stansiyasi signal kuchaytiradigan yaqib oldi hozir. Ondan keyin bir harbiy lager bor. 230 strategik o'rin bo'lgandan keyin bir harbiy lager, mana Jabal Din degan shu. Bir harbiy lager, harbiyning o'rni bilan signal, ko'rsanglar, resim uchiqmoqda bir signal kuchaytirgich bor. Tog'ning cho'qqisi. Qibla Rasululloh cho'qqi masjidning qiblasini ashaga to'g'rilab bergan. Vaqtim qoldi, agar ishtirak mang'uz bo'lsa, mang'uzlarni bu 9 minutlik film, bu asli yarim soatlik film. Endi bu filmni qarindoshlar xalqaroliq Qur'oni Karimni tabiiy bo'yicha tadqiq qilish nemisda yig'inda cho'ng zalda ko'rsatilgan bu. Necha ming odam o'tirib ishlagan film, bu hali ilmiy nebisi kuchlik. Endi biz bu Google'da qanday qilamiz? To'xtasa. Google'da endi masjidning mihrobdan tub-tiz bir so'z tatimiz, asosiy shu. O sizning nega gapirmaysiz? Sizlikni yo'q. Oldi bilan o Makka degan qanday apoq oldi, Makka degan jiroq yo'q. Tog'ining cho'qqisiga gapiramiz. Qilib Rasululloh shuni ko'rsatdi. Ammo sizning to'xtatmay, udul sizeyvering. Nega bordi? Makkaga bordi. Makka degan bir shahar o. Chuqum shaharning ichidagi naytiga biri Ka'baning dal o'tirsin chiqdi. Mana tajriba qilmoqimizning tajriba qilmoq. Şanalım ya, asas mazmun maşru. Eğer film muş doğruluk görmen desana, torda bakacak, YouTube'da bakacak bu. Yani muş seyreksizlik ne? Hatta neminin Google'nın maçta programısı var. Google'a kirip seyreksiz tartışını okuduğunuzlar bazen o da taslanı çıkıyor orada. Barangla, hazır bana şu zin teğine üstüdün mangdı. Mangılavası bir nayigendek mangısla. Ne geldi? Mana bu Mekke'ninki sunniy amrat resmi. Hayron qolarlik yeri. Biz mushu qibla to'g'riliq bir maqola yozmoqchi bo'lib, men aqtusam, Saudiya Arabistondagi masjidlarning 98% Ka'baga to'g'rilanmagan. Tushundingmi ya? Shuning Qur'oni Karimida deydi, Alloh nihoyat mehribon zot. Sen Ka'ba qara demay, Ka'ba tarakka qara deydi. Agar Qur'oni Karim Ka'ba qara degan bo'lsa, namozlarimiz necha chiqadi shunaqa payg'ambar alayhisalom sizning qiblinglar mashriq bilan mag'ribni o'tirsangiz qibla deb aytgan. Shuningga ichida qarab intisoq bo'ldi. Hayron qolalik yeri Saudiya Arabiston o'quvchi bolalar qanaqa qilsa, Lazon Nur bilan masjidning qiblasini tekshirib berib, Makkadagi masjidlarning 98% Ka'ba qaramaydi. Ammo Rasululloh San'a bilan Makkaninki o'rligi 815 kilometr. Endi gapni xolos qisqartay. O'ylab baqinglar, mushundaq Ka'ba bilan masjidning koordinatini belgilash uchun nima ketadi o'silcha? Eng aqallisi merdan sizlik bilan parallel sizlikni bilish kerak. Bu hammamiz bilgan ish.
ikkinchisi yer shari bilan Sanani, Makka bilan Sanani yo Sunamriyadan olgan yoki aeroplanda olgan yer yuzining aniq xaritasi bo'lishi kerak. Chunki yer shari bu yumbuloq tursa uni to'p tuz hatta bir odam og'amchi tasimi to'g'rilab o'g'ilmaydi uni. Shunday qo'ydayman. Endi siz bilsizlar, dunyodagi birinchi xarita 1456-yili İdrisi degan bir musulmon tarafidan chizilgan birinchi qatimli xarita. Hem birisi bir ingliz Lopajumo, Lobagom ishqilib bir ingliz tarafidan ikkisini xaritasini ko'rdim men. Qarsani o'ng tarafini xarita. Qachon Qur'on Rasululloh mushunda 5,5 asrdan keyin chizilgan xarita. Shuning uchun ma tajribani men nima uchun sizlarga tanladim degan hammanglar oliy maktab o'quvchilari o'zingizlar ishlay olasizlar. Agar ishlab baqilay deb ishlab baqsanglar, o'zingizlar ishlik bo'lmoqchi. Men bu dedim Qur'oni Karimda 1200 oyat bor, mening o'qigan kasbim shu. Buni nima deydi deb asliga eng munosib bo'z o'z qo'lidan qilsa, chunki men u kompyuter desa ishlab baqadim, ras kompyuter deydim bu boshqacha. Mamda kompyuter bilan ishlab baqib boraskan, o'zi ishlab baqsin biladi. Demak qarindoshlar, men tugitay gapni. Men sizlarga dedim, Qur'oni Karimda 1200 oyat mushundaq ilm-fan to'g'riliq so'zlaydi. 2378 oyat oxirat to'g'riliq so'zlaydi. Men diniy kitoblarni biraqir ko'rdim. Oxirat to'g'riliq islomdan boshqa hech qanday kitobda tafsiliy ma'lumot yo'q. Xitoy nomini o'qisanglar, o'g'rim shashqan bo'ladi, apsintilgan maymun bo'ladi, hammasi bir hayvonga aylanib qoldi gap baka onda. Sumukuni kinos nima kino o'qisa, men kitobni o'qib tushgandim o. Hali birisi shishlan maymun, birisi ilon, birisi shashqan, birisi u diniy ta'limotgan o. Ularda hali shu aniqan shashqan, maniqan, eshitmaniqan, cho'shqan, mani to'ng'iz u oxirat to'g'riliq hech qanday ma'lumot nima uchun? Shuni bu iliqi buni bir odam to'qib chiqar oldigan ish emas endi. Endi Qur'oni Karim mush 2378 oyat oxiratni deb ana bu oxirat to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lib qolsanglar, odamning badanini titrak bosadi. Ajoyib bir dunyoda bu. Bir odam sakratga tushgandan tortib nima bo'ldigandan tortib, u dunyoda yaxshi odamlar nima yeydi, nima ichidi, nima kiydi, qanday uyda o'ltirdi, hatto qanday parang suqishdi, suqishgan parangni qandaroq o'ltirib suqishdi, mushuni tortib baqarindoshlar. Ammo do'zax ahli ya'ni shunday aytgan chaqda nadon, johil, eski ig'zi bo'lmagan odamlar qanday qoldi, tafsili bor. Men shaxsan mush oxirat to'g'riliq bir dars so'zlab baqayda hozir 61 soatlik dars so'zildim. Yeni takbir 20 saat söylesem aran tügeden olsaydım. Muşunda tafsili bak. Endi Qur'oni Karim muş ahiret doğruluk sözler ötüp işlenmesen manın qara. Ey insan aklını işlet, oku, bilim al, işlenmesen manın qara ahiret çokum ba. Sen çünkü Qur'oni Karim'de kella diyen sen oylagandek emas. Dep kelip lanmaş ilim ben o bu delil pak, akli, mantıklı, logiklik ilmi her xil faktlarni qo'ydi. Dehqonlar tushunadi, do'stlar, magistr doktorlarni tushunadi, hammasi tushunib, oxiratda sen cho'qim hisob bersa deb Qur'oni Karimning demoqchi bo'lganimiz shu. Mana bu rasmni ko'rsanglar, Mao San'a masjid, Mao Zintig'ining cho'qqisi Mao Ka'ba. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Alloh subhanahu va taolo hammamizga bir manfaatli ilm ato qilsin. Ve şundaqla şu ilimde menfaatlanırlar nasip qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi ish qilib mushu gap to'g'riliq, endi hozir insonlar faqat o'qimga men sizlarga bir masala chaqchaq to'g'ri deb beray. Men hayotimda mana islom dinidan yolg'on chiqib qolsa bek arzu qildim-ku. Mening chunki dadam mulla, opam dadam atrofimizga hamma mullavanki mo'ldim bek zirib ketganman. Bas gapni qilsam. Agar mulla mandalda bo'lsa bo'ldim men besh. Mush mulla o'qimasam deb 3 yil oxunimga olib berdi. Pul maash olaman deb, maashim shunda olganda o'qimayman ketaman deb turalaman. Shu ham 80-yillarda o'zim bizlar qarindoshlar, men 86dan boshlab o'qigan. O'sha damimizning turmush yaxshi emas. Maktab bo'yicha mening kiydig'ini, meydig'ini hammani olib. Bir bat yod olsa 5 ming deydi. Bir batni 2 ming yod olsam shu 5 mingni ya ufturib ya qashlaydim, shungacha 2 kun yo'qolib ketdim. Pul degandan keyin uy kirsam, pul tayyor yozadi. Bir batga mana shunday bekitib qo'yganlar Qur'onni.
Şunda qilib Qur'onning 20 necha 10 necha bor hadab bo'lgan joyda dadam bir kunsa ma o'qimsin, ma bir molla olsun, bu eshak molla o'qidek ma. Aşağıda da hazırlık esin var. Çünkü bu chiqqan qimir o'ynagan bir vaqt namoz o'qimasa, ma binas bo'lib qolsa-ma. Shundan shu jarayonni yin tashlayotganki, yeni bo'lmay men o'qitdi 3 yil o'qib bir vaqt namoz o'qimaganman-ku. Shona arliqda dadam haramga chiqib 94-yili. Mehadiga o'qimdan chet elga chiqsam o'qamsa. Lekin handikapda o'ynaydigan fursat. Hani meni o'yini bir aqir tugabdi endi. Endi o'ynaydigan voy chiqay deb shundan kallamizda har xil xayollar kelib, unda chiqsak, o'p kelsa. Chet elga chiqib shuni bilan Qozog'istonga chiqib bir hafta turib Pokistonga kelib birinchi qarashim cherkovga bordim. Chunki vatanimda ingliz tilini asl o'rgandim. Ondan keyin uyga chiqib ingliz o'rganib cherkovga bordim. Mush men o'yinda mush amerikaliklardan bir ras chiqib qolsa, endi qarasam madaniyatlik, taraqqiyot Şan cherkovga bordim. Cherkovga borsam men Allohning o'rinlashtirishi dal Pokistondagi Uyg'urlarga tashkil qilgan cherkovga kirdim men. Men o cherkov bada bikim diklolmaydi, o'tirdi odamni. To'q kitib bag'ash qarsam bir cherkov ekan, ko'rib oldim-da endi. Ko'rib olib shuna bir kun g'ibtlam yolg'iz bordim. Borsam bu ko'riblamsan, voy Uyg'urmi? Voy biz siz uchun qurilgan bu anda-manda adam tushib ketdi, tushib o'tirib, shan so'zlab baqasan, din deysa, meni bir qoyil qila olamsa deb so'zlasam, o men dadamni xurabiy deb o'tirdim, dadam deyishib ketgan xurabiy ekan u. Shuna ko'ta xaltanladik. Shuna Qatarga arab tilida o'qishga bir yo'l chiqib qoldi. Maashi berdi ekan, yotoq, ayram ayıplan bileti. Bak no'chamdi u. Qanda bir arab bilan tanishib qoldim, u arab bilan shagar o'qamsa deb shundan Alloh subhanahu va taolo dunyoni 6 kunda yaratdi. Bormi yo'qmi? Qur'oni Karimda kecha kunduz degan gap ajoyib gap. 300 hayot chiqadi. Amma Allah zaminni 6 kunda yaratdi deb bo'lib, Allah kecha kunduzni yaratdi, kecha kunduzni tuz qo'g'laydi deb. Nima degan gap bilamsizlar? Nima uchun boshqada bu kecha kunduzni tuz qo'g'laydi demaydi u. Ammo mush Allah dastlabda yer sharizmni yaratgancha kecha kunduzni beqatimay ishtiq. Ha? Necha soat? 4 soat to'g'ri. Endi hozir men o'qisam, iztop orqali iztopda bir narsa ekan-ku. Bir daraxtnimda kesiblam, ashning yeshi, ay har bir nimidagi chambarsimon narsa, shu daraxtning umrini bekitgandan qolgan. Endi hozir shuni to'liq material ko'rsak, yer shari dastlab yoritilgan vaqtda 1-2 kunduz 4 soat ekan. Nima uchun boshqa yerda kech kunduzni qo'g'laydi demay, yaratgan chaqda yatlubuhu hasisa deb kecha kunduzni qo'g'lab ishtiman demoqda. Bu mumkin emas. Undan osmondagi qorong'ulik deymiz, dengiz. Rasululloh alayhivasallam bir kunsi ma yer shari ostida o't va deb qo'ygan. Yerning ostida o't. Bir oddiy gap. Sizlar ma yerni diqqat qilinglar, yerning ostida o't va deb. Hammamiz bilamiz 70 kilometrning ostida nima bor? Bir oddiy gap endi. Mushundoq oyat hadislarni qilsa, shuni Qur'oni Karim butun odam alayhisini tatib hozirlik dunyoga raqobat e'lon qilgan birdan-bir kitob. Sizlar Qur'oni in kuntum fi raybin, agar sizlar Qur'ondan shaklansanglar, butun siyosiy, iqtisodiy, texnika hamma kuchinglarni chiqaradi. Sizlar emas Amerika, butun dunyo kafirlari chiqlar. Shunami? Wad'u shuhadaakum degan shu do'st, og'ina, qarindosh, birodar hammani yig'ib no'chi bo'lsang, fa'tu bi suratin min misli. Qur'ondagi inna a'taynakal kawsar 3 jumlalik so'z qarindoshlar. 3 jumla. Qur'ondagi oyat degan gap, ya'ni Uyg'urchada bir jumla degan gap. No'chi bo'lsang, mashina akpaqa dedi. O'z vaqtida kafirlar akilmiz dedi. Masalan, bir yolg'on Musaymalatni kazabda bir yolg'on payg'ambar vardi. Mahum bir inisi kelib payg'ambarga da'vosi qildi. Da'vosidan keyin inisi kelib, "Aka, sanam osmondan bir narsa nozil bo'ldimi?" debdi. "Nozil bo'ldi" debdi. "Nima nozil bo'ldi?" debdi. "Al-filu mal-filu wa ma adraka mal-filu. Khurtumuhu tawilun wa zayluhu qasiru." degan gap, "Voy, pilning nimaligini bilamsiz-da? Pilning degan buni uzun, quri, qisqa" debdi. Al-Qur'on Karimdagi al-qari'a, mal-qari'a, wa ma adraka mal-qari'a, yawma yakunun. Shunda qarab, Alloh bilan qasamki sen kazzab.
Muhammed rastçıl. Lekin Muhammed'nin rastçılığından kazzap akanman yaxşı sen işinme. Kur'an-ı Kerim nimde de qarindoshlar şu raqobat hozirim bor. Shuni Amerika anglag'lik, Jungo anglag'lik, Qaqasan anglag'lik. Keltirib deb Qur'on-i Kerim falan taf'alu. Qo'lingdan kelmaydi bo'ldi. Yani noç olsa hazır terörçü Müslüman deb avar qilmay Qur'on yalog'ini bir oyat isbotlab bersa birinchi men chiqaman. Qilmaydi uni mumkin emas deb bo'lib valan taf'alu. Hozirgachilik qilinmadi. Valan taf'alu. Bunun degan qiyomatchi qilinmaysa unda o'z qanday qilsa fattaqun narallati waquduha an-nas wal hijara. Yiqilg'usi toshdan va insondan bo'lgan do'zaxdan o'zini qutqaz. Netinchi Anda demek muşundaq ayetlerni mushunaq Qur'on-i Kerimdagi Qur'on-i Kerim men dedim sizlarga mashina yasashni, sunamra yasashni o'rgatmagan bilan ma tabiatni sifatlagancha, masalan suv qanday paydo bo'lgan, yomg'ir qanday yog'di, bulutlar qanday shakllanadi. Andaki masalan hozir men o'qimagan sildash olsun. Oliy maktab o'quvchisi so'rab boqay. Yomg'ir yog'digan bulutning turi qancha? Birleşken Devletler Teşkilatı bulutni 13 turga bo'lgan. Şunu üçüden fakat 3 xil bulutdan yağmur yağdı. Birincisi yağmurluq qat-qat bulut, yağmurluq top bulut, warink şekillik bulut debdi. Qur'on-i Kerim mush 3 bulutni aynan tilag'an bo'lsin deysizlar. Tehi qaysi bulutdan guldirmama chiqdi, qaysidan guldirmama chiqmaydi. Qur'on-i Kerim aynan tilag'an bo'lsin deysizlar. Ali maktab o'quvchilari bilmagandan 1900 Qur'on-i Kerim deb qo'ygan. Bu chaqchaqliq emas emas. Men ma gapni dedim, men boshlang'ishda 2 yil o'qib intamni demay chiqatgan. Shuning uchun qo'yib, men shuni bilganlikdan andan keyin hamda hozir butun insonlar ma taraf qilmansizmi? Menda inshaalloh bu Qur'on-i Kerim bir haq degan ishonchi andan keyin to'g'rilgan. Qur'on-i Kerimning ilm fan oyatini keltirishning maqsadi shuchu. Dinda eng muhim ish Allohni tonish. Allohni qanday taniymiz? Osmon zamindagi koinot tafakkur qilib taniymiz. Shu tunishtirish uchun Alloh mana ilm fandar oyatni kelgan. Rahmat. Bekçi yordam qilishni o'ylayotgan nurg'un odamlar bor. Nima qilsam bo'ladi, nima qilsam bo'ladi debchi bilamayotgan. Qarasa Uyg'ur akademiyasi qalpoqbek cho'ng. Endi biz bunga loyiq kelmay qolamizmi deb hatto mushagim kelmaganlar bekchi. Nima qilsa, doktor va magistr o'quvchilar degan emasmi? Shu bizga magistr bo'lmasak, bu yerga kelib bu so'rovga mas nima qilmay qolamiz deb kelmagan nurg'un sabablar bor. Shu an bizga yordam qilmoqchi bo'lganlar qarata bir narsa yozgan biz shuningda biroz tushuntiruvdimi u yerda bir ta'sirlik inkaslar bor inkaslarni sizlar o'rtoqlashima undagi qilgan ba'zi faoliyatlarimiz torbetimizga kiysanglar muhokama yig'inimiz 5-qatim muhokama yig'indagi nimalar meni doktor Turg'un Hamidniki so'zlagan nimasini bor videosini ko'ra olasizlar ba'dan deb o'tdim bularni torbetim ko'rbasanlar bo'ladi hammamiz bir insan tug'ildik bu dunyoga chuqum nima deydi Alloh subhanahu taolo liyabluwakum ayyukum ahsanu amala deydi shundami nimishqa bu dunyoda biz oxirat bo'lishimiz sabab bizning qaysimizniki yaxshi yoki yomon amallarni qilganligimizni imtihon bir dunyosi shunlashqa biz bir ish qilishimiz kerak foydali yaramli ish qilishimiz kerak shuning uchun biz bu Uyg'ur akademiyasini qurdik. Yani Uyghur Akademisi iqtisadi jihatdan yerdan ularni deb o'tmay, onu zaten qilganlar qilyapti, o'zimiz mi qilyapmiz. Boshqa torbatdagi tunishtiring hozir Facebook, Undidar, u bu degan narsa chiqdi. Bir yaxshi bir ish bo'lsa, odamda shunday bir narsa bo'lishi kerakki, sen o'zing yaxshi ko'rgan narsani bir qarindosh yaxshi ko'rmagicha nima qilgan bo'lmaysa, iymon etgan bo'lmaysa, iymon etmasang, qana qilmaysa, jannatga kiramaysan. Shunga hamda yaxshi ishlar bo'lsa, buni taqidishimiz kerak. Ondan keyin o'zingiz yoqtirgan torbatlarning ilkan sarxil Uyg'ur torlar majmuasi degan bir torbeti bor. ilkan.biz deb kiysanglar, butkul Uyg'ur torlardagi sarxil torbatlardagi eng yaxshi narsalarni shuni jamlab qo'ygan yangi temalarni ko'ra olasizlar.
bu yerden bizning to'rbetimizni charlash orqali bormi yo'qmi bu tema bo'lmasa men buni sizlarga ibatib bersanglar uni biz chiqarib qo'yamiz. Endi Uyg'ur Akademiyasining g'oya va nishoniga aloqador uni tushunib olsanglar bizning nima ish qildiganligimizni, nima ish qilmoqchi bo'lganligimizni hammanglar meni ko'rib o'tgansizlar. Bugünkidek ish qilamiz, boshqa bir ish qilmaymiz. Uyg'ur Akademiyasi tarjima gruppasi bu ishida endi nima ish qilmayman deb deganlik tarjima jihatdan sizningki bir saviyangiz bo'lsa, bizga men bir ijod deydigan bir tarjima bir kitob bor. Musulmonlarningki 700-yildan 1700-yilgacha bo'lgan araliqdagi Yevropaliklarningki zulmatlik chaq, qaranliq chaq degan vaqtidagi shu musulmonlarningki qanday ilm fanda, qanday to'plarni qo'shganligini tushuntirgan kitob. Biz onunki 13 minutlik nimasi vardı. Onu zaten aldığın hilesi biz qilib bo'lgan. Onu qo'ygandik. Onu Hüseyin ustozim ko'rib bek yaxshi hammadan ko'rayotdi, yaxshi qilibsizlar. Shuni ovoz bersak o'tdi dedi. Texnik ovoz bergan odam chiqmayotdi. Biz uni saqlab o'tmay, undan keyin bu kitob qo'ygan tonishni yuqori ko'tarish uchun o filmni chiqardik. 13 minutlik tarjimasini xat qilib, undan keyin biz buning bo'lgan qiziqish yaxshi bo'lg'achqa internetdan foydalanib hujjatli film men bir kashfiyot to'g'risida deb meni qarab qarab tarix 2011-yili 24 Aralık. Shu vaqtda izlanishga e'lon chiqardim. Men bir narsa yozdim men uchun. Menda yaxshi bir narsa bor, men bir kashfiyot deb. Chunki bizning musulmonlarda nima? Qarasangiz Yevropalik yoki Amerikalik, Angliyalik shular yoki Yapon, aşan hammasi ilm fanda shunda taraqqi ketgan. Biz musulmonlar hozir ishak arabasi menyapmiz. Biz ilm fan taraqqi qilamapmiz. Onda deb tushkulish va insonlarni shu. Shunga yüzü seskindigan, xudolikqa Yiroqlardan anuyotqa salom o'qigandan keyin, bunda oshqanda bidan chivinni ko'rsak, hey, Yevropadik oshqanda chivin yo'qda, bizning mayadik oshqanda chivin. Menda g'ing qilib yurdik-ekan deb, uni qarab ko'nglimiz ermab ketdi-ku. Shunga o'xshash endi musulmonlar andaqa emas, musulmonlar hozir ilm fanning o'sha kelishiga nima asoslarni saqlagan degan 1000 yillik tarixni ashyadan ko'rsizlar. Abdushukur Muhammad Iminninki Uyg'ur falsafa tarixidagi kitobni ko'rsanglar, u yerdan biroz iymoningizni kuchaytirib chiqsizlar. Hujjatli film men bir kashfiyotni turkcha anglab yezishib bersanglar deganni chiqardik kincho. Ondan keyin uning qancha bek nima bo'lmadi, haq bek kuchimidi. Ondan keyin biz qanday qildik? Köklam torbetini men izlanishdi zaten işte yurgan chig'imda Avdumish akimizning ayoli Dilara deb kirdi edi, Maryam yengimiz. Mena Köklam torbetda bir tor qurilib ekan, siz aşağı kirsangiz dedi. Maqilda u yerga kelgandan keyin u yerda bu ishni boshladik. U yerda qarasanglar Elnur 024 degan ism bilan she'rman yurima. U yerdagi bolalarningki nimasini oldik. Buni boshlashdan burun oldi bilan biz Uyg'ur Akademiyasidagi bolalarga vazifa topshirdik. U yerda Batur Qarqallim bor, Ra'nami bor, Ma'mi bor, doktor Nimba Ahmadcha, va boshqalar bor. Hammamiz yozdik. Shu filmni anglab, uni turkcha anglab yozdik. Undagi turkcha anglab yozib o'qiganimizni bir turk yangimizga tuzatdik. O tuzatib berdi, imlosini qarab berdi. Undan keyin qanday qildik? 30 bergan undan keyin o'qitizgan ish bor. O'qitizvetimizcha bu xatni o'qitizimiz qaysi minutda, nerede qaysi gap chiqdi, shuni ko'rsanglar oldi xat filmlarni ko'rsizlar. Shu narsani ishlashga nima qildik? Shuning bilan Köklam to'g'ridagi bolalardan texnik jihatdan yordam istadik. Bularni qilishdagi hammasidagi maqsad nima desanglar, men bir ijod degan kitobni bo'lgan tunishni kuchaytirish asli maqsad ma'vo. Buni tarjima qila olsak, hozir Bayatın Yanqisi ilmiy muhokama yig'inida shu atalg'ular deb qiynaldik-ku. Shunga biz buni o'tirib bilan tarjima qilib qo'ymaymiz. Shu atalg'ular jihatdan har qaysi fanda o'zininki nimasida yaxshi nimalarni biladigan tarjima iqtidori va odamlar tarjima qilmas bo'lmaydi deb, shunga biz buni hozir chekilmadik. Men bir ijod deganimiz 7 qismliq Hilal TV'ning ishlagan nimasini tarjima qildik. 8-qismi chiqdi. Bunga qatnashgan hammalarga Alloh rozi bo'lsin. Asli maqsad men bir ijod, shu men bir ijod degan kitobni agar topa olsanglar, Turkiyada bor kitob turkchisi.
Arapçası var, hazırçın buluşu mümkün, İngilizcesi var zaten. Torbetim var, aşağı kırıp aşını kürenler. Men bir kesbiyatını uygurçlaştırış ahırı bitti. Oh dedik. 7 kısımlık nime tügüdü. 70 tane inkaz 4973 kıtım körüldü bucu. Ondan keyin o filmlerini tushirish, o başka narsani hisoblamadim. Men bir kashfiyot to'liq va suzuk nusxasi torda ko'rish deb başka torbetlarda bu e'lon qilindi. Ama zaten men bir ijod va kutubxona degan o danglik film hamda ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. O torbetlarda bor. Mushundaq nimalardan foydalandik. Men bir deganni kiysangiz zaten chiqadi shuni aloqador narsalar. Demak shu o'g'lim her bir adam özünün qiladigan ishini, özünün kuchini, puli bo'lsa pulini, kuchi bo'lsa kuchini, o'rgangan narsa bo'lsa, tarjima qilishda bo'lsa tarjimasini chiqarsa bir ish bo'ladi ekan. Bo'ladi ekan shuni, ammo buningga foydasini ko'rdik. Men bir ijodni qanday tarjima qilib tezkilinglar dedik, Dilara yangimiz yozdi buni. Mana jadvallashtirib chiqdik. Buni qaysi film, yozuvchilari kim anglab yozganlar. Bunun haleti tamam bo'libdi. Vaqt o'qiga kim tizibdi, quyruq va boshbaqon va har xil namdagi bolalar va undagi haleti tamam bo'libdi. Tarjiman Hilal, Arslan, Hidqari, Yurtum hammasi va bu ish bitti oxiri. Buni men shu haramda turib Mustafa Saboqning kitobini tarjima qilgan vaqtda anamma bosh yerda ashada turib buni internetda setib olib, bog'lanib, men uchun ishlardim. Shu narsa qanday bo'layotgandi deb ko'klam to'g'rida üzlüksüz onu takip kıldık. Altıncı, eğer tercüme işi tercümelik bolsanız, chat tilini Uygurca tercüme kısmı bilen birge Uygurcini chat tiliga tercüme kılıp, yani bek mühim narsa. Biz daim hazm kılıp lan, başkalarını kubul kılıp lan emas, bizdeki bahanasını başkalarına bildirişimiz gerek. Şundan ya, keşke yığılap, Xitay anda kıldı, o kadar kıldı, manda kıldı der, yügeninin faydası yok. Bizim atanımız, biz manda adamın ecdadı. Biz yine manda adam bulunmaz. Şundan ya, biz manda okuduk, manda alimlerimiz var. Mani bilip koy, ey dünya dep şu, dünyaya jakalışımız gerek. Onu qanday qilamiz şu, tulmay işleyimiz, birlişimiz, ömlük bulumuz, menda qilamiz. Şunchida ma'lum bir yerda farq bo'lsa, onun karayeti şağlıq. Ama qiladigan ish bizningki hedef, noktalar inib. Onu qilmasak bo'lmaydi. Şuna o jihatdan hamkorlashishimiz kerak. Tayyor narsalar var, masalan, hozir bizningki yaqinda ilimning zakatini belgelarini ikkinchi qismini ishladik. Birinchi qismini kim bilandi? Doktor Rishad Abbas bilan suhbatni e'lon qildik. Nurg'a adam ko'rdi, hozirgacha 7-8 ming bo'lib ketdi. Oqshom ko'rib chiqdim. Vatanni ko'rganlar. Ammo chet eldagilar ko'rmaydi. Chunki hammadan olim, hammadan molla, hammadan biladi. Vatandagilar ko'rdi ekanimda. Shu hada xizmatni vatandagilar qartinglar. Shu Kösen ustazda miyadagi adam bilmaydi. Vatandagilar biladi. Çünkü vataniga bir narsa lazım. Mesela bizdeki tarix doktorumuz kim Nebijan Tursun efendim bilan ikinci kısmını işledik. Ilmining zakatini berganlar degandan inşallah patraqında sizlar bilan yuz ko'rishdi. Shuning yozib qo'ygan kitobi bor. Ruschasi bor, ingliz ba'zi kitoblarni yozdi, uyg'urcha yozdi. Shu kitobni biz qanday qilishimiz kerak? Turkchaga tarjima qilishimiz kerak. O jihatdan tarixiy jihatdan tarjima ishlarga yordamlasang desanglar, onu qilsak bo'ladi. Shuna ma'ni Allohdan deb qo'ydik. Anigi tordagi kutubxona qurish planimiz bor. Onu zaten qilyapmiz, bek asti ketyapmiz. Shunda bo'lsa-ma, o'tgan bir qatim Şinjan tarix materialini 50 qismini to'g'ri chiqarib qo'yapdik. Boshqalar shunda yaxshi inkaslarni yozibdi boshqa to'rbatlarda. Men mushuni boshqalarni so'radim. PDF nusxasini, to'liq nusxasini menga bergin desam, 5000 koy bersang qilib beraman dedi shu. Biz onu 5000 koy almadık. Biz doktor Tursun bilgindim. Aşınınki toplanan materyal ekan, şunu ondan elib, onu biz torda e'lon qildik, haqlar tushirib, PDF'ni foydalanib, uni ko'ryapti hozir. Şu PDF kitob bo'lsa, qo'lingizga bizga evatib bering, biz uni ratlab qo'yamiz. Ondan keyin agar bizga ehtiyojli kitoblarni pochta orqali yo'llamoqchi bo'lsangiz, qiynalib ketsangiz, uni PDF'da yo'llasangiz bo'ladi dedik. Bu odam tanamsizlar? Bir aşpaz eden mavcum. Ama 3 milyon koy pulni chiqarib, yanchukida hotelda kitobxona ochgan adam. Endi tuydingmi ya?
Bu adamning kitobxonasida 1 million jak kitob bor chiqibdi. Hatto kitob o'qigan odamga tamoq uradigan endi shu. Ma'rifatparvar bir odam kim? Bunchilik bir qilgan odamlar bular chunki nimani biladi? Ilmning qadrini biladi. Bular o'qimagan, ammo o'qisam ekan deydi. İsmi muhim emas, qilgan ishi ham muhim. İsmini unutib qoldim men shu. Xutaqubildek. Kürsani ustozning ismi muhim emas, so'zlagan narsa muhim, shundami ya? Abdulazizning ismi muhim emas, ammo og'izdan bir to'g'ri bir narsa chiqqan bo'lsa, olasiz, xato bir narsa chiqqan bo'lsa, atisiz yuzigacha. Xutaqubildek. Bir inimiz şu Uyghur Akademiyasi nima chiqib bersan bo'ladi deb 5 qashtabiga inimaz. Hukamimiz Xutaqubildekni g'orchaklik keltirib baqa debdik. G'orchaklik keldirib bizga evatib ekan, biz PDF'ni qo'yib qo'ydik. G'orchakli lozim bo'lganlar evatib berdi. Hukam ma'noda bizga Android app yasab bersan deb, uni chiqib qala. Qaysi nusxasi bu? Qonun nusxasimi, nasliy nusxasi? Banda ishlarni qilib bo'ladi hamda. 19-chi hozir eng ehtiyoj bo'lgan xizmatlarning biri qanday qilib oliy maktab o'quvchilariga tushkunlikni yo'qotib, altindagi vaqtni ilmli yuzlandirgil bo'ladi deydi. Shundami? Hozir qarasang baydan AIDS'ni gapini oldik. Bishadek hammamiz qarshi AIDS'ni deb qaldimiz, shundami ya? Ya men AIDS'midim bor debchi, o'zimizni ansiraymiz. Qarasang maktabga borsak, kashkish AIDS Uyg'ur, birinchi numar AIDS olib ketdi, obo debchi, tushkunlishimiz, shundami ya? Ama Allah subhanahu taala nima degan? Pashiga yaqinlashma degan. Shundaqmi? Siz uni qilsangiz, bo'lasiz nima uchun? AIDSmi bo'lasiz, bo'lmagan narsami bo'lasiz. Shu tushkunlikni yo'qotish uchun Uyg'urlarningki tarix romanlarini o'qib tushkunish biladigan ishi bor. Shunga bunday narsani yo'qotish uchun ular qanday so'qqanliklar o'qiymiz tarixni, bu usullarni o'rgatish kerak. Nurg'un narsalar bormi-chu? Oliy maktab o'quvchilari vaqtini chim tutmasa, vatanimizning kelajagi shularni qo'liga bog'liq deymiz-ku. Shunga ham shu jihatdan bir ish qilsak demoqchi. Oliy maktab hayotidagi yaxshi ishlaringizni yozib qo'yamiz internetda paylaşildi dedik. Bu ishlarni ham o'quvchilar qarata xizmatlarni 2-3 yil qildik biz. Undan biz hadik. Hamda hozir Uyg'ur o'quvchilar komiteti bu ishlarni qilyapti. Shunimiz bu jihatdan xotirjam. Alloh rozi bo'lsin ulardan. İlmni haqqini bergüçüler, zakatini bergenler degentim haqqida yozib qopti. Amal yo'q. Buni vatandakilar 6079 qatim ko'rib bo'ldi. Men tungi ma'lumot ko'rmaganlar ko'rganlar. Mayda bizniki doktor Shuhrat Mutallib buni YouTube'da qo'yib qo'ydik. Buni ko'rganlar 4 minutlik, 4 minutlik TRT'ning xabari 27675 qatim ko'ribdi. Biz ularga rahmat etdik, Facebook'ta rahmat, bizning Uyg'ur millati Alloh sizlardan rozi bo'lsin dedik. Buni qilib bo'lgandan keyin menda bir kuldi bu odamcha. Shu vaqtda shuni ko'rganlar bu odamning nima deb kulgunini deb beralamsizlar? Qaysi aqlli millatni so'rayapti. Yo'q, to'xtab turinglar. Nobel mukofot to'g'riliq shundami? Nobel mukofot to'g'riliq so'rgan chaqda asos maqsad kelib o'ga hozir o'timiz. Uyg'ur doktorlari va Uyg'ur magistrlari deydi, shundaqmi? Bundan bir tizimlik lazım bizga. O'tganda men bir yerdan yordam berish uchun birisi bilan birlashib bir proje yozdik-chi, planchi, davlatga biz ma'ni qilsak, mandaq, mana shu barcha qatini muagim yig'in to'g'ridik. Shunda onunla liste, tizimlikni berdik. Tizimlikda Yaponiyaning kelgan olimlarning qanday olim ekanligini, Amerikadagilarning NASA qarasa, Pfizer degandek narsani ko'rib, hey, sizlarning bu tizimlik bek muhim, bilamsan. Bu degan bir marka sizlarning uchun. O'sha tizimlikdan foydalanib sen nurg'un ishlarni qilib o'talaysan dedi. Lekin o ishni ular bu yerdan yordam olmadik, lekin boshqa yerdan yordam qildi. Alloh razı olsun. O yig'inimizni saqlab o'tkazib oldik. Shuna o'xshash biz Uyg'urlarimiz, doktorlarimiz, magistrlarimizningki tizimlikini mukammal bo'lish kerak bizda. Ahmaqning do'stilar piyozning posti debdi. Shuni Facebook'ta, Undidarda do'stlar bek jiq shundami ya? Shuna vaqtimizni ching nima qilmasak, bizning aqlimizda, vaqtimizda o'g'laydigan ishlar jiq chiqyapti-da. O bir suiqasdlik ishlarmi shu. Uni yaxshi foydalanmasak bo'lmaydi.
Bir şeyde fakirlik alımız bu yerde nimi degan, ya bunda küçülüp ketdi, nimi deb cevap verdi degan savol. Qaysinglar deb beradiysizlar, nima deb so'ralgandi yo'q muxbir? Anlasak, seni bu yıl Nobel mükafatı erişideydi, devatı bular degandik kim? Bu adam nima dedi? Mena dedi şu, doğru birey. Ha, Nobel mükafatı degan bir mükafat uçu. Eng muhim da işleş kerak. Nurgun iş vaqtidigan debçi. Nurgun'u demedi hamda eng muhimi işleş dedi. Ben onun qarab bek ta'sirlandim. Çünkü bunda o'qigan adam yelimchilik sudek shalaqshimaydi ekan. Yine shunda kamtar bo'ladi ekan. Shu Allohma su shuncha nim bo'lsa, tuvanga qarab oqsima, yana uni Alloh bulutga aylantirib osmonga chiqarib, yuqori arshalarga ko'tardi ekan, shunami ya? Shu biz o'qigan sirimiz shuncha egri bo'lsak, yelimchilik sudek shalaqshimasa, inshaalloh shunda olim bo'la olamiz. Çin yürekten Çin sözler. Hem de asası yapmağı. Mehmetcan'da bir inimiz 17. May yazgan bir xat. Assalamu alaikum. Uyghur Akademisiga qadirlik aka hadilar. Yaxshi turvatamsizlar. Uyghur yurtidan va ininglar mendan sizlarga o'tliq salom. Yaqinda men bir saboqdishimning tavsiya qilishi bilan Uyghur Akademisi to'g'ri betiga kirdim. Hamda sizlarning nurg'un mushaqqatlarni chekib, Uyghur Akademisida qurganliginglarni ve hazıra kadar tarafı kıldırıp kilovatqılınlarını okup sizlerden bekmi suyundum. Xuşallıqdan hayacanlanıp közümge yaş mı geldi? Biz Uygurlarının Uygur Akademisi bolğanlığıdan hem de özümden Uygur bolğanlığımdan bekmi fəxirlendim, suyundum. Mana hazır Allaburun Ali Mektebinin 2. yıllıqını bitireyde kaptım ben. İlgiri yaxşı okumay, şunca köp vaxtımını bikarga ötküzü etiptim ben. Men yaş turup ta hazırga kadar milletimize paydalık hiç iş kılmaptım ben. Addiğinisi, ügünüşümdüme yaxşı kılmaptım ben. Özümden bekli hicillik his kılıvattım ben. Ama bizden muşunda Uygur Akademisi barlığını bilginimden başlap, mende köp özgürüşler oldu. Kelgisi bolğan işençim, ümidim həssilap açtı. İlgiriki ügünüş kılışqa hoş yakmaydıgan micazım uyqulup, ügünüş kılışqa xedila yirismen bop ketdim. Ruhsuz çağlarımda daim öz-özümge, Sammut Rişqin, Mahmud, başkalarının hemmisi yurdumuz ve milletimiz için töhbü qoşuvatıdım. Fakat senla kaldın deb öz-özümle rıhbetlendirip oquşqa tirişivatdım ben. Bulup mu, şu Uygur Akademisi için neme iş berginiz ba degen maqalını oğunumda belki ruhunum ketimen. Mana hazır şu maqalını günde bir qıtım oquşni özümge adet qılıp aldım. Men yurtum ve milletim için tirişay ve azraq bolsunmu paydalıq iş qılay deb ügünüşümni yaxşı qılıvatıman. Gerçi yurtumuz ve milletimiz için çoğ işlerini qilishqa acizlik qilsam-mu, lekin ko'nglimda mushundaq bir yaxshi umid arzular paydo bo'ldi. Mana hazır şu umidlarning turkisida yaxshi o'qivatıman. Xudo xolisa keyingi hayotimda yurtimiz ve Uygur Akademisi için azraq bolsunmu yaxshi ish qilib bilib bergim bor ve mushundaq g'oyalarni ko'nglimga pukdim. Yaxshi elning turki. Öz elinin neniniye, kecha gündüz g'eminiye. Uygur Akademisidagi qadirlik akahadilar. Sizlar Uygur milletimizin gülünüş için köp jafalarni tartdinglar, hamda tartıvatsizlar. Özümüzden sizlardek yuriki yurt ve millet için soqildigan qarindoshlarimiz bo'lganligidan bekmi faxrlanaman. Ulug' Allah ishlaringlarga texmi ko'p utuqlarni ato qilgay. Xatimni mush yerda oxirlashtiray. Ulug' Allah'dan her vaqt sizlarga aman, esenlik, ishlaringlarga utuq, muvaffaqiyat tilayman. Uygur yurtidan ininglar Mahmudcan. Endi bu özümüzde danlap yezbagan bir narsa emas, buni o'xshash nurg'un ushurlar keldi bizga. Bizning yozgan inkasimiz va alaykum assalom. Mahmudjon ukam, xatingizni o'qib bizning ko'zlarimizga yosh keldi. Gerçi o kadar dağdığılık işini qilib ketemmisakmi, ammo pak qalbingizda o'rin olganligimiz inşallah kıyamette saydaydigan sayga vesile bolsa ecep emas. Bizni qo'llab
ve teşvik kılıp bergerlikiniz ve altından kıymet vaktinizi çıkarıp bu yürek sözlerinizden bizge aytqaningizdan cheksiz minnatdor bo'lamiz. Va alaykumussalom. Demek biz hiç bo'lmasa bir adamning qalbiga olsunma ümit ushqunini beralibdimiz. Ugunish qilmaydigan adam ugunish qildigan bo'libdi. Shundami ya? Bizga shu yeterlik. Ümitsizlik, hamma narsa ümitsizlikni bizga shundan osonlar, shu İstiklam şu ümitsizliğinden bir yer akıp koyuyordu. Karısak eydiz, karısak başka neyse, nurgun neyse, demesi dep ketkili olmaydı. Şuna ümitsizlik şeytandan, karındaşlarım. Ümit olmasa imanınızı müstehkem olmaydı. O ümit ne? Bir yer kelgen çağda şeytan sizni ümitsiz işensiniz Allah'a, kılvatkan işlerinizi ümitsiz bilen karısınız, kelgüsünüzü ümitsiz bilen karısınız, ahire şeytanga yem bulursunuz. O şeytanlar közü köründüğün şeytan mı var, ademi şeytanlı mı var? Vatan sendin özge didarla tapmadım alem yıkılıp, tapmadım tapalmayman, hem bes yaşasam mihrenge kınıp. Vatanның sırtında yaşavatımız, vatanını sığınganlar üçün. Demek hizmet kılay desen kıladigan iş bekmi köp. Bular adat kişilerdeki tuyulğunu bilen Uygur okuvchilar ve tadqiqotchilar arasida aloqa hamkorligini kuchaytirish uchun bekmi ahamiyatlidir. Agar puli bor odam men maktabga yaxshi o'qimabdi ekanman deb pulini kan korxona qurilgan mablag' silib, men o'qiyman deb pul topolmabdi ekanman. Yani ba'zi to'g'ri bo'lmagan rasmiyligi imloga solsak ba'zi xatolar chiqadi, xafalanmaysizlar. Bu maqolani men yozgan hamda shunga ba'zi xatoliklar yuz beradi. Deb 5-ni qashlab yurgan ixtisos egalari bilan kol tutuşup yüzüge şerik kılmasa, yetipisi altın mı, tağ mı, toşumaydı diyen makalı giderek her iki taraf pulunun ve ilminin berkini kaçırıp milletimizdeki berksizlikten küpüşki sebep bulup kaldı. Eğer sizden birer ehmiyet işini kılıç pulunuz varsa ama vaktiniz olmasa, siz kılmakçı olan ehmiyet iş için vakti var. Ama pulu yok kişi bilen hemkarlaşıp o işini vücutta çıkarsınız. Öz rolunuzda en yaxşı cari kıldırgan bulursunuz. Şunlar yüzümüzde bazı çağda kılın kılıp, ey pulu ve adam, pulundan Allah subhanahu ta'ala sorukunu alıdı. Ben sen yardımcı şey, benim pulum yok, bilimim var. Ben maaşlı kılıma, ya bana yaxşılık kılmakçı, şunun bilen hemkarlışı, şerikleşi desiniz, şerikleşi de inşallah. Şunu demek için. Her kim kılanmaganını emas, belki kılalaydıganını hesap soruldu. Siz kılalaydıgan Allah subhanahu ta'ala sizge nurgun nerseni berdi. Şu kılalaydıgan işlerini kılmışsınız, sizden çukum sorak yenildi. Kılanmaydıgan nerse emas. Hiç kim sizden ma devletten demiş için kumudun, ya başka bir ders kılmadın dep bir ders sormaydı. Allah subhanahu ta'ala üzerine imanı, şuna mı ya? Üzerine kıladıgan kudretin yettiği yenildik işini demiş kılmadın dep nurgun nerslerini soraydı. Şununla kılanmaydıgan işlağa, kılalaydıgan işlağa aşın abdan nima qilish kerak? Magibimni xato tushunmanglar. Ondan keyin to'rqimar yoshlar qarasak internet chiqqanlar 10 necha yil bo'lib ketdi, hozir Facebooklar chiqdi. 3-4 yil vaqtimiz o'tib ketdi ekan. Ammo 3-4 yilda bir odam bir universitetni bitirdi. Shunami ya? Yoki bo'lmasa magistr bo'ldi, doktor bo'ldi, professor bo'ldi, yoki bo'lmasa 5 balanın dadısı yak anısı bulunmuş. Hiç olmasa şuna mı ya? Şu an internet bağımlılığı diye çıkırlık ortakçı. Şu onu hazır eyleyle. Küçük yetkinin bu işi paylaşıp beblaksın diyendek. Oyunda bir sunum hazırladım. Bazı da her kaç eğri kelsin mi bazı nerslerini bir yakka kayırıp koyuşu doğru gidiyordu. Adam bazı gurur buldu çoğu. Üzü menmenlik deyimiz mi? Ayda nesler olsa onu asla kayırıp koymasak bazı çağ çatak çıkıyordu. Bazı ügengen bilim var boynumuzga takakkup kılıp şeytan kokşaş cehennemge ketadigan kaldı adam şu. Adam nechini qipti? Ma ras adam ekan mavju. Bu qarasam Facebookda paylaşsam bana bu adam derhal ismi çıktı. Bu adam hem baklavur, hem doktor, magister, doktor açtımı iş qilibchi. Hemmisi bu adam ekan mavju. Nayt qisqa vaqtning ishida. Yig'inni e'loni chiqarishdan burun ashuni chiqarib qo'ygan to.
Mana mani ko'rgansizlar resimda. Bu bizning 5-chi qadimliq ilmiy muhokama yig'in kelgan olimlarimiz. Bularni bir yerda ko'rish, ashlarga sharaf medali nimani taqdirnomalarni berish, ularning nimalarini anglash biz uchun bir sharafli ish. Shunga qaysi yo'lni tanlaysiz? Bu sizning o'zingizdagi bog'liq narsa. Alloh siz aql demagan aql ishlatasiz. Buni bizniki nimamizni ko'rsizlar, bilasizlar. Nima bu? O'qish, nima? O'qu, nadan yurma. Gapning oxirimi shu, beshimi shu nima dedi? Alloh subhanahu va taolo bizga nima dedi? O'qu dedi. Iqra bismi robbikallazi xalaq. Shundami? O'qimagandan keyin bizning holimiz shu dedim. O'qisak, tushunib o'qisak, amal qilishni o'qisak, andiki haqiqiy o'qigan bo'lamiz. Rahmat hamsa, Alloh razı olsun. Hem de hazır özümüzdeki bu programlar sunulduğun dokladlar hemen az tügüdü. Fakatlam takdirname nemesi gütümüz. Bugün bizge bir şeyde doklad sunup bergen 5 kişi var. Şuların ismini atsam çıksa. Zulfiye Kayyum. Zulfiye Kayyum. Çağırsak. Osmancan Tursun, Müyesser Abdülahad, Mahmudcan Letip, Habibullah Küseni. Bunun Doktor Abdullah Turan'ı Mahmudcan Letip'ninki takdirnaması verişkiye teklif kısak. Buyurun. Doktor Turgun'la Habibullah Küseyin'in ustalarındakini bir iş teklif kısak. Doktor Ahmetcan Polat'la Osmancan Tursun'unkini bir iş teklif kısak. Takdirnamız bir iş teklif kısak. Vaqtim bir yer vardı. Uyghur Akademiyasida nimalarning bo'lganligi, nimalarning so'zlanganligi, qanday savollarning so'ralganligi bugun ko'zimiz bilan ko'rdik. Shundoq bir amaliyotning oldida yana men tilimni chaynab ezberlab o'tirsam lozishmi qolaman. Shunchalik so'zlamay uning ustiga nihoyat ta'sirlik cho'nqur mazmunli temalar so'zlandi. Bo'libmi Küseyni ustozimizning tunji qatim ko'rishishim. Yani o sözden anlap durup yana ağzımni etishimi mansal eg'ir kelyapti gapni rostini desam. Bu haqiqat chin hissiyotim. Shunga men gapni uzatmay qisqa qilib aytgan chog'da Mishad o'ltig'i hammamiz Uyg'ur mayli nima o'ylayli, qandaq faoliyatda bo'layli, hammamizning taqdiri bog'langan, buni qechib qutlanmaymiz. Uyghur Akademiyasi mi? Hammamizning Uyghur Akademiyasi. Şuna bundan keyin hammamizniki davomli birga mengishimizni atrofimizdagi qarindoshlarımızga bu faoliyatlardan xabardor qilib, bundan keyingi faoliyatlarimizning texmo g'albilik, xalqimizga haqiqiy foydali ish harakatlarini vujudga chiqargan bir jamiyat bo'lishiga hammalarniki kuchini chin qalbimdan umid qilaman, orzu qilaman. Ve İstanbul'daki başka müş sorunga qadam basmagan qarindoshlarımni kelar qatimliq faoliyatlarda ko'rishni intayin orzu qilaman. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Deydigan gaplarni, sunulgan ilmiy dokladlarni hammamiz angladik, ko'rdik inshaalloh. Men shunda niyat qildimki, kelar yili mukofot olgan ishida men bo'lsam deyman. Başqalarga o'qishdan yaxshi bitirib, yaxshi natijalarga erishishni Allohdan tilaymiz. Undan keyin hozir bizlarda doklad bergan magistr va ya doktor o'quvchilar
inşallah bizning kelgusidagi doktorlarimiz, bizning magistrlarimiz, bular bizniki kelajagimiz. Hatto bizning kelajagimiz bo'lgan doktorlar va ziyoli o'qimishli odamlar hammasining har yilda bir qatim o'ttiriladigan Uyg'ur akademiyasininki xalqaro ilmiy muhokama yig'inlari va bu qarindoshlarimiz bu yerda doktorlar beriladigan halqa texnik yaxshi yerlarda ishlaydigan millatimizga, insoniyatga foydali insonlardan bo'lib, boshqalarni bu yo'lga da'vat qiladigan amaliy harakatlar muvaffaqiyat qozonadigan ikki dunyolik bereketidan Allah bizni ayırmaydigan kişilerden bo'lishini ve bizning shunday bo'lishimizni umid qilamiz. Rahmat. Bu qadimgi programmamiz mishad oxirlashdi. Husayn ustozni bir duoga taklif qilsak. Rahmat. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث يشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا خالقنا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك والعظيم سلطانك. Ya Allah, misorun kelgen bütün Müslüman qeyrindaşlarımızın günahlarına boğayla, ulanın qabrilerini cennet bağçalarından bir bağçı qıpaq eyla. Hemimizni kıyamet günü hesap soruqımızdan asan qıpaq eyla, pil sırat görkünün çaqmaq tezliği ötkül nisif eyla. Ey Allah, bizni kıyamet günü bütün xalq alemini aldıdır esbaq qılmaq eyla, ey Allah. Ey Allah, bizden günahlarımızı yapqayla, ey Allah. Ey Allah, bizim dozaq azabıdan, qabr azabıdan saqlayla, ey Allah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bi rahmetike. Allah subhanahu teala Hüseyin Ustad'ın oğlunun Hüseyin Ustad'ın neticesi eşip bitişini tileyimiz. Rahmet. Anda olsa bugünkü faaliyet bir şey tügüdü. Kiler ile yine şunda sorunlarda bir gecem buluşku nasip olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cihan rena içine bilimdektir